Hazreti İsa elçilerinin faaliyetlari. 1. bab. Hürmetlik Teofilos. Dastlabki xetimda Hazreti İsa o'zining vazifasini boshlagandan tortib, toki osmonga ko'tarilguncha qilgan hamma ishlarini va bergan barliq ta'limlarini bayon qilgan edim. U osmonga ko'tarilishdan ilgari Xudoning muqaddas ruhining kuch-qudrati bilan o'zi tanlagan elchilariga yo'l yo'riqlarni bergan edi. U o'lib, tirilgandan keyingi 40 kun ichida ularga ko'p qitim ko'rinib, o'zining tirildirilganligining shaksiz ekanligini nurg'un faktlar bilan isbotlagan edi va Xudoning podshohligiga doir so'zlarni qilgan edi. Bir qitim Hazreti İsa elchilar bilan g'izlanayotganda, ularga yo'l yo'riq berib, mundaq dedi: Yerusalim shahridan ayrilmay, men sizlarga aytganimdek, Xudo otam sizlarga berishni va'da qilgan muqaddas ruhni kutinglar. Chunki Yahyo payg'ambar kishilarni suvda cho'mildirdi. Sizlar bo'lsanglar, bir necha kun ichida Xudoning muqaddas ruhiga cho'mildirsizlar. Elchilar Hazreti İsa bilan jam bo'lgan vaqtda uningdan: Ey Rabbimiz, shu vaqtda İsroil podshohligini asli keltirmoqchimisiz? deb so'radi. Hazreti İsa ularga mundaq dedi: Xudo otam u vaqt soatni o'z huquqiga asosan belgilagan. Sizlarning buni bilishinglar tegishli emas. Biroq shuni bilishinglar kerakki, muqaddas ruh vujudinglarga tushganda, sizlar kuch-qudratga to'lib Yerusalim, butun Yahudiya va Samariya o'lkalari, hatto dunyoning bulun-puchqoqlarigacha bana guvochi bo'lasizlar. Hazreti İsa bu so'zlarni qilib bo'lib, ularning ko'z oldida osmonga ko'tarildi. Bir parcha bulutning o'rilishi bilan u ko'pchilikning nazaridan g'oyib bo'ldi. U osmonga ko'tarilganda elchilar ko'zlarini ko'kka tikib qarshib qoldi. To'satdan ularning yenda oq kiyim kiygan, odam qiyofatidagi ikki farishta paydo bo'lib, "Ey jalilliklar, nemishqa bu yerda osmonga qarab tursizlar?" Hazreti İsa ashki chiqib ketdi. Biroq u qandoq ko'tarilgan bo'lsa, kelgusida yana shundoq qaytib keladi, dedi. Shuningdan keyin elchilar Yerusalimdan bir chaqirimcha yiroqlikdagi Zaytun tig'i degan joydan Yerusalimga qaytib keldi. Ular shaharga kirib, o'zi turayotgan uyning ustungi qavatidagi hujraga chiqdi. Ularning orasida Petrus, Yuhanna, Yaqub, Ender, Filip, Tomas, Bartolomay, Matta, Halpayning o'g'li Yaqub, vatanparvar Simon va boshqa bir Yaqubning o'g'li Yahudalar bor edi. Ular boshqa e'tiqodchilar bilan doim bir yerga jam bo'lib, bir niyatda duo tilovat qilishadi. Ularning ichida Hazreti İsa'ning onasi Maryam, Hazreti İsa'ga egashgan ayollar va uning inlarimi bor edi. Shu kunlarning birida e'tiqodchilardan 120 ga yaqin kishi jam bo'lishdi. Ularning ichidan Petrus o'ri turib, mundaq dedi: Birodarlar, Hazreti İsa'ni tutib bergan Yahuda haqida muqaddas ruhning burun podsho Davud orqali oldin aytgan muqaddas yozmalardagi so'zlari amalga oshishi kerak edi. Yahudami bizdek bir elchi bo'lib, biz bilan billa Xudoning xizmatida bo'lgan edi. Yahuda qilgan asligi badiliga ega bo'lgan puliga bir parcha yer setib olib, shu yerda boshlab yiqilib, 3 oy qerini cho'lib o'ldi. Bu ishdan xabar topgan butun Yerusalim aholisi u yerni o'z tili bilan Haqaldama deb atashdi. Buning ma'nosi qon to'kilgan yer demakdir. Petrus so'zini davomlashtirib mundaq dedi: Zaburda podsho Davudning Yahudaga qartilgan mo'ni so'zlari bor. Uning uyi cho'lga aylansin, uningda hech kim o'ltirmasin va uning vazifasini boshqa bir kishi ustiga olsin. Shuning uchun Rabbimiz İsa'ning tirilganligiga biz bilan tang guvohlik berishi uchun Yahudaning o'rniga bir kishini
tanlashimiz kerak. Bu kishi Hazreti Ayso Yahyo payg'ambardan cho'mildirishni qabul qilgan kundan boshlab toki osmonga ko'tarilgan kungacha biz bilan boshdan oxir birga bo'lgan kishilardan bo'lsin, dedi. Shuning bilan ko'pchilik Yusuf, laqimi Barsaba, grekcha ismi Yustus bilan Matiya degan ikki kishini oldiga chiqarib, mundoq duo qilishdi. Ey Rabbimiz, hamma odamning ko'nglidagi yoshurun o'yi sana ayon. Yahuda o'zining vazifasini tashlab o'ldi va o'ziga tegishli yerga ketdi. Endi u tashlayotgan elchilik vazifasiga ega bo'lg'ichiga bu ikkilandan qaysisini tanlig'ingni ko'rsatgin. Duodan keyin ular bu ikki kishiga chak tashlaydi, chak Matiyaga chiqdi. Shuning bilan Matiya 11 elchining qatoriga 12-chi bo'lib qo'shildi. 2-bob. O'tib ketish hetidan keyinki 50-kuni kelgan o'rmi hetida e'tiqodchilarning hammasi Yerusalimda bir yerga jam bo'lgan edi. Osmondan tuyuqsiz go'yo qattiq shamol chiqqandek bir ovoz anglanib, ular o'tirgan uyni qopladi. E'tiqodchilarning hammasi o'zining ustiga xuddi o't yolqinidek bir narsaning ayrim tushganligini ko'rdi. Ularning hammasi Xudoning muqaddas ro'yiga cho'mib, u ato qilgan alohida qobiliyat bilan o'zlariga noma'lum bo'lgan tillarda Xudoga batiya o'qishga boshladi. U chaqda Yerusalimda dunyodagi har qaysi davlatlardan kelgan nurg'un ixlosman Yahudilarmi bor edi. Ular bu ovozni anglab, e'tiqodchilar boyaga jam bo'lishdi. Hamda o'zlarining tillarida so'zlashayotgan e'tiqodchilarni ko'rib, dong qetib qilishdi. Ular hayron bo'lib, qaranglar, so'zlashayotganlar galiliklar emasmi? Ular qandoqlarcha bizning tillarimizda so'zlashalaydi? Aramizda Partiya, Mediya, Elam, Mesopotamiya, Yahudiya, Kapadokiya, Pontus, Asiya, Frigiya, Pamfiliya, Misr, Liviyaning Kiriniga yaqin joylardan kelganlar, Krit va Arabistondan kelganlarmi bor. Yana Rim shahridan kelgan Yahudilar va Yahudi diniga kirgan boshqa millatlarmi bor. Ammo hammamiz ularning Xudoning qilgan ulug' ishlarini, bizning tillarimizda maqtag'anlarini anglayotimiz, deyishdi. Ular tengirqab qolganligidan hayronlik bilan bir-biriga bu zodi qandoq ishdi, deyishdi. Ba'zilar bular obdalla mas bo'lib qapti, deb masxara qilishdi. Buni anglagan Petrus boshqa 11 elchi bilan birga o'rnidan turib, yuqori ovoz bilan ko'pchilikka: "Hey Yerusalim aholilari va boshqa Yahudi qarindoshlar, sizlarga ahvolni tushuntirib o'tay. So'zlarimga quloq solinglar. Sizlar bizni mas bo'lib qapti deb atamsizlar. Undaq emas. Texi endi atigan soat 9 bo'ldi. Holbuki Xudo burun bu ish haqida Yoel payg'ambar orqali oldin aytib mundaq degan. Xudo shuni va'da qildiki, men oxir zamonda hamma insonlarni muqaddas ro'yimga cho'mdiraman. O'g'il qizlaringlar mening vahiylarimni yetkizdi. So'zlarim yigitlarga g'oyibona alomatlar, yashanganlarga tushlar orqali yetkizildi. O kunlarda barliq ayol xizmatkorlarim ro'yimga cho'mildirilib, mendan kelgan vahiylarni so'zlaydi. So'roq qiladigan ulug' kun kelishdan burun ko'kda karomat ko'rsataman. Yer yuzidami mo'jizalarni yoritaman. Yerda qon, o't va qop-qora istutaklar ko'rinadi. Ko'kda quyosh nuri qorong'ulikqa cho'kib, oymu qon rangiga kiradi. Parvardigordan nijotlik tilaydiganlarning hammasi qutqiziladi. Ey Isroil qarindoshlar, so'zlarimga quloq solinglar. Xudo Nosiralik Ayso orqali oranglarda ko'rsatgan mo'jiza va karomatlari bilan Hazrati Aysoni o'zining avatganligini isbotlagan.
Bu ish hammanglarga ma'lum. Hazreti İsa Xudoning oldini ola bilishi va plani bo'yicha sizlarga topshirildi. Sizlar uni Xudoyimizga ishonmagan razil odamlarga tutib berib, krestga mixlatib o'ltirgizdinglar. Lekin u o'lgandan keyin Xudo uni o'limning ilkidan qutqizib, qayta tirildirdi. Chunki o'lim uni chirmib ololmadi. Podsho Davud Zaburda u haqida mundoq oldin aytgan: Men Parvardigorning doim yenimda turganligini bildim. Men hargiz tavranmayman. Chunki u mening o'ng yenimda turib, menga yordam berdi. Shunga men uningga xushallik bilan matiya o'qiyman. O'lsammi, tenim umid ichida turdi. Chunki sen meni o'liklar diyorda tashlab qo'ymaysan. Sening sodiq xizmatkoringning tenining muchirishiga yo'l qo'ymaysan. Haqiqiy hayotlikka yetaklaydigan yo'lni menga ko'rsatding. Endi sen meni huzuringda xushallikqa cho'mdirsan. Qarindoshlar, sizlarga aniq aytalaymanki, bu so'zlar cho'qim Podsho Davudning o'ziga qartilmaydi. Chunki ajdodimiz Davud olamdan o'tib yerga ko'mildi. Uning qabrisi bugungacha bu yerda saqlanmoqda. U bo'lsa payg'ambar bo'lib, Xudoning uning taxtiga o'z avlodidan biraylarni varis qildirishga qasam bilan va'da berganligini biladi. Podsho Davud Xudoning oldin aytganlarining cho'qim amalga oshirdiganligini bilib, qutqizguchi Masihning o'lgandan keyin tirildirdiganligini, ya'ni o'liklar diyorda tashlab qo'yilmaydiganligini va tenining chirimaydiganligini aytgan. Bu so'z Xudo o'limdan tirildirgan Hazreti Aysoga qartilgan bo'lib, biz bu ishning guvohchilari. Xudo uni tirildirib, arshga elib chiqib ketgandan keyin uni cho'ng shon-sharafga ega qilib, o'zining o'ng yonida o'ltirg'izdi. Hazreti Ayso Xudo ota va'da qilgan muqaddas ruhni uningdan oldi va hozir ko'rayotgan, anglayotganlaringlardek bu ruhni bizlarga tushirdi. Podsho Davud hargiz arshga chiqmagan. Uning yozgan mo'ni so'zlarimi qutqizuvchi Masihga qartilgan. Parvardigor Xo'jayinimga aytdiki, men sening dushmanlaringni oyog'ing ostida dasatguncha mening o'ng yenimda o'ltirg'in. Shuning uchun, ey Isroil qarindoshlar, shuni qat'iy bilishinglar kerakki, Xudo sizlar krestga mixlab o'ltirgan Hazreti Aysoni ham Rabbimiz, ham bizni gunohlarimizdan ozod qiladigan qutqizuvchi Masih qilib tayinladi, dedi. Petrusning bu so'zlari anglag'uvchilarga yurakka sanchilgan xanjardek kuchli tegdi. Ular qoyil bo'g'inidan Petrus va boshqa elchilardan: "Qarindoshlar, undaqda qutqizilish uchun qanday qilishimiz kerak?" deb so'rashdi. Petrus ularga mundaq javob berdi: "Gunohlaringlarning kechirim qilinishi uchun yomon yo'llaringlardan yenib, tavba qilinglar. Hamda Ayso Masihga e'tiqod qilganliginglarni ko'rsatish uchun cho'mildirishni qabul qilinglar. Shunda qilsanglar, Xudo sizlarga muqaddas ruhni ato qiladi. Bu va'daga sizlar va sizlarning avlodlaringlar hamda dunyoning bulung pushqoqlarida yashayotganlarmi erishalaydi. Chunki Rabbimiz Xudo o'zi chaqirgan kishilarning hammasiga o'zining ruhini ato qiladi." Petrus yana nurg'un so'zlar bilan ularni ogohlantirdi va ularga: "Sizlar o'zinglarni Xudoning bu zamonning chirib ketgan kishilariga keladigan jazosidan qutuldiringlar" deb ogohlantirdi. Nurg'un kishilar uning so'zlariga ishonib, cho'mildirishni qabul qildi. Shu kuni 3000 kishi e'tiqodchilar jamoatchiligiga qo'shildi. Ular boshqa e'tiqodchilar bilan
doim jam bo'lishib, elchilarning ta'limini anglab, Hazreti Aysoni xotirlash uchun nonni bo'lishib yeyishadi va duo qilishadi. Elchilar nurg'un mo'jiza va karomatlarni ko'rsatdi. Xaloyiqni qo'rqinch bosdi. Butun e'tiqodchilar davomliq birga inoq yashab, sening mening deyishmay, boriga do'st bo'lishdi. Mol-mulklarini setib, pulini har kimning ehtiyojiga qarab taqsim qilishdi. Har kuni markaziy ibodatxona hovlisiga kirib, ibodat qilishadi. O'ylardimi, xushal-xuramlik va oq ko'ngillik bilan bir-birini mehmon qilishib, Hazreti Aysoni xotirlash uchun nonni bo'lishib yeyishadi. Ular Xudoga matiya o'qishib, butun shardikilarning hurmatiga sazovar bo'ldi. Xudo har kuni yangi e'tiqodchilarni ularning orasiga qo'shadi. 3-bob. Bir kuni tushdan keyin soat 3larda Yahudilar odati bo'yicha markaziy ibodatxonada duo qildigan vaqtda Petrus bilan Yuhannamu ibodatxonaga bordi. Ular markaziy ibodatxonaga yaqinlashganda bir tug'um to'kur odammi bu yerga aklinayotgan edi. Har kuni kishilar uni ibodatxonaga kirganlardan sadaqa tilab, jon boqsin deb, markaziy ibodatxonaning go'zal darvoza deb atiladigan ishiga oldiga akilib qo'yadi. To'kur odam Petrus bilan Yuhannaning markaziy ibodatxonaga kirib ketayotganini ko'rib, ulardan sadaqa tiladi. Ular to'kur odamga diqqat bilan qaragandan keyin Petrus bizga qara dedi. Tilamchi ulardan bir narsa kutib, ko'zlarini tikib qarab turadi. Biroq Petrus uningga menda oltin yoki kumush yo'q, lekin qo'limda borni sana beray. Nasiralik Ayso Masihning nomi bilan buyurmaymanki, o'rningdan turib, "Mang" dedi-da, uni o'ng qo'ldan tortib, yo'lab turg'izdi. U odamning put va o'shiq berishlariga shu an kuch kirib, o'rnidan chashrab turib, mengishga boshladi. U mengib va sakrab, Xudoga matiya o'qigan holda, ular bilan birga markaziy ibodatxona hovlisiga kirdi. Uning mengib Xudoga matiya o'qiganligini ko'rgan jamoat, uning markaziy ibodatxonaning go'zal darvozasi oldida tilamchilik qilib o'tiradigan yilqi kishi ekanligini tonib, dong etib qilishdi. Hamma odam yilqi put saqaygan odamni ko'rish uchun ibodatxonadagi Sulaymon Peshoyevni degan yerga yugurib kelishdi. Ular uning sog' peti Petrus bilan Yuhannaga chin esilib olib turganligini ko'rib, hayron bo'lishdi. Bu ahvolni ko'rgan Petrus xaloyiqqa mundoq dedi: "Isroil qarindoshlar, bu ishqa nemoncha hayron bo'lasizlar? Bizga nemoncha tikilib qaraysizlar? Sizlar bizni o'z kuch-qudrati yoki ixlosmandligiga toyinib, bu odamni mongdirdi deb o'ylamsizlar? Hargiz undoq emas. Vaholanki Ibrohim, Ishoq, Yoqub qatorliq ajdodlarimiz e'tiqod qilib kelgan Xudo o'zining xizmatkori bo'lgan Hazrati Aysoning shon sharifini namoyon qildi. Sizlar shu Hazrati Aysoni kengashimga tutib berdinglar. Vali Pilatus uni qo'yib bermoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, sizlar Pilatusning oldida uni rad qilib o'ltirish kerak dedinglar. Muqaddas va odil bo'lgan Hazrati Aysoni rad qilib, Vali Pilatusdan uning o'rniga bir qotilni qo'yib berishni talab qildinglar. Shundoq qilib, hayotlikni yaratquchini o'ltirdinglar. Biroq Xudo uni tirildirdi. Biz mana bu voqeaning guvohchilari. Mana shu Hazrati Aysoga qilgan e'tiqodimiz bilan bu to'kur odamga kuch kirdi. Sizlar ko'rib turgan va taniydigan bu odam Hazrati Aysoga bo'lgan e'tiqod orqali sop-pusoq bo'ldi. Sizlarmi buni ko'rdinglar? Qarindoshlar, men ishonamanki, sizlar va boshliqlaringlar Hazrati Aysoga shuncha yomonlik qilganda o'zinglarning nima qilayotganliginglarni bilmaydinglar. Mana bu Xudoning
qutquzguchi Masihni ziyonkashlikka uchrab, o'ldiganligi to'g'risida payg'ambarlar orqali oldin aytganlarining amalga oshirilishidir. Shuning uchun hozir yomon yo'llaringlardan yenib, tavba qilinglar. Xudoning yo'liga qaytinglar. Shundaq qilganda Xudo gunohlaringlarni kechirim qiladi. U sizlarga yangi kuch ato qilib, o'zi biz uchun tayinlagan qutquzguchi Masih bo'lgan Aysoni qishinglarga qaytadan avatidi. Xudo burunqi zamonlarda muqaddas payg'ambarlari orqali jakorlig'indek hamma mavjudotlar yengildigan vaqt kelmaguncha Hazrati Ayso arishda turdi. Musa payg'ambar Hazrati Ayso haqida mundoq degan edi: Parvardigoringlar Xudo o'z qarindoshinglar orasidan menga o'xshash bir payg'ambar tiklaydi. Uning so'zlariga to'liq amal qilishinglar kerak. Chunki bu payg'ambarning so'zini anglamaydiganlar Xudoning xalqi qatoridan chiqarilib yo'qotiladi. Darvaqa Samuel payg'ambar va uningdan keyin kelib Xudoning so'zini yetkazgan payg'ambarlarning hammasi bu kunlarda Hazrati Ayso to'g'risida yuz beradigan ishlarni oldin aytgan. Sizlar bu payg'ambarlarning avlodlarisizlar va Xudo ajdodinglar bilan tuzgan ahdining merosxo'rlarisizlar. Chunki Xudo ajdodimiz Ibrohimga sening avloding orqali yer yuzidagi hamma xalqlarga baxt ato qilaman deb va'da berib ahd qilgan. Shuning uchun Xudo har biringlarni yomon yo'llaringlardan qaytirib, baxt saodatga erishtirish uchun xizmatkori Hazrati Aysoni tiklab, uni avval sizlarga avatdi. 4-bob. Petrus bilan Yuhanna xaloyiqqa gap qilayotganda bir necha mo'ysipit ruhaniylar markaziy ibodatxona qorovullarining boshlig'i va sodiqiy diniy iqimidagi bir nechaylan kelib qoldi. Elchilar xaloyiqqa Xudo Hazrati Aysoni asos qilib o'lganlarni tirildirdi deb ta'lim berganligi uchun bu kishilar intayin g'azablandi. Shunga ular Petrus bilan Yuhannani tutqun qildi. Kashf kirib qolganligi uchun ular kechicha tutib turildi. Lekin elchilarning ta'limlarini anglaganlarning ko'pi Hazrati Aysoga e'tiqod qildi. Shunda qilib Hazrati Aysoga ergishadigan erlarning sonila 5000 ga yetdi. Etsi Yahudiylarning kengashimizdagi barliq boshliq, oqsoqol va Tavrat ustozlari Yerusalimda to'plandi. Ularning orasida bosh ruhoniy Hannan, Qayapa, Yahya, Iskandar va bosh ruhoniyning boshqa tuqqanlarimi bor edi. Ular Petrus bilan Yuhannani oldiga chaqirtib, "Sizlar bu ishni qaysi kuch qudratga tayinib, kimning nomi bilan qildinglar?" deb so'radi. Petrus muqaddas ruhga cho'mgan holda mundoq dedi: "Xalqimizning hurmatli rahbarlari va oqsoqollari, agar biz bugun bu to'kur odamga ko'rsatgan yaxshi ish ham uning qanday saqaytilganligi sababli so'roqqa tortilgan bo'lsak, sizlar va butun Isroil xalqi shuni bilishinglar kerakki, uni butunlay saqaytib, oldinglarda tug'izgan kuch-qudrat Nosiralik Ayso Masihning kuch-qudratidir. Sizlar Hazrati Aysoni kristga mixlab o'ltirgan bo'lsanglarmi, lekin Xudo uni o'limdan tiriltirdi." Muqaddas yozimlarda u haqida mundoq yozilgan: "Tomchilar tashlavatgan bu tosh qurilishning ul tishi bo'lib qoldi." Hazrati Ayso dal shu toshdir. Faqat Hazrati Aysola bizni qutqizalaydi. Chunki butkul insoniyat dunyosida Hazrati Aysodan boshqa Xudo tayinlagan hech qanday qutqizg'uchi yo'qdir. Petrus bilan Yuhannaning bu jur'atini ko'rgan kengashma hayatlari ularning o'qimagan odatdagi odamlardan ekanligini bilib hayron bo'lishdi. Ularning burun Hazrati Ayso bilan birga bo'lganligini bildi. Lekin
saqib ketgan yilqi odam Petrus bilan Yuhannaning yanida pakt bo'lib turayotganligi uchun ular hech qanday gap yondira olmadi. Shuning bilan kengashma hayatlari ularni kengashmadan chiqishga buyurdi. Ondan bularni qanday qilamiz? Ular ko'rsatgan ajoyib mo'jizani butun Yerusalim xalqi bildi ekan. Biz mundaq ish bo'lmagan deyishga amalsiz. Lekin bu ishning xalq ichida texmi keng tarqalib ketmasligi uchun ularga bundan keyin Aysa to'g'risida hech kimga bir nima demaslikka ogohlantirish berayli deb maslahat qilishdi. Shunda qilib ular elchilarni chaqirtib, qandoq bo'lishidan qat'iy nazar bundan keyin Hazrati Aysoning nomida so'zlab ta'lim bermaslikni buyurdi. Lekin Petrus bilan Yuhanna Xudoning oldida sizlarga bo'ysunish to'g'rimi yoki Xudog'imi? Buningga o'zinglar bir nima danglar. Ammo biz ko'rgan va anglaganlarimizni aytmay tura olmaymiz deb javob berdi. Kengashma hayatlari bo'lsa, xaloyiqdan qo'rqib, elchilarni jazolashga loyiq sabab topamay, ularni texmi qattiq ogohlantirib qo'yib berdi. Chunki xaloyiq Xudoga madhiya o'qiyotgan bo'lib, buning sababi 40 yildan beri to'kur yilqi odamning saqib ketganligidan edi. Petrus bilan Yuhanna qo'yib berilgandan keyin boshqa e'tiqodchilarning yeniga qaytib kelib, kengashmidagi oliy ruhoniylar va oqsoqollarning qilgan so'zlarini ko'pchilikka uqtirdi. E'tiqodchilar buni anglaganda bir niyat, bir maqsadda Xudoga mundoq duo qildi. Ey egimiz, osmon, zemin, dengiz, okeanlarni va ulardagi barliq mavjudotlarni yaratgan o'zing. Sen muqaddas ruh bilan xizmatkoring bo'lgan ajdodimiz podsho Davud orqali mundoq degan-ku. Nemi uchun kofirlar Xudodan g'azablandigandi? Nemi uchun xalqlar bekordan bekor suiqasd qildigandi? Dunyodagi podsholar sab tortib, Xudo va u tayinlagan qutqizuvchisiga qarshi jam bo'lishdi. Dal shu ahvol bizning shahrimizda yuz berdi. Erodxon bilan Vali Pilatus, Rimlik lashkarlar va Isroil xalqi bilan birlashib, muqaddas xizmatkoring, o'zing tayinlagan qutqizuvchi Aysoga qarshi to'plandi. Ular bilmasdinlar, o'z kuch-qudrating va irodang bilan burunla o'rlashtirgan ishlarni amalga oshirdi. Ey Rabbimiz, hamda ularning seni xizmatkorlaring bo'lgan bizga selayotgan tahdidlarini ko'rgaysan. So'zlaringni yuraklik yakdishimizga madad bergaysan. O'z qudratingni ko'rsatib, muqaddas xizmatkoring Aysoning nomidan kasallarni saqaytib, mo'jiza va karomatlar yaratqaysan. Ularning duolari oyoqlashganda, ularning tug'an yeri tavrinib ketdi. Ular muqaddas ruhga cho'mib, Xudoning so'zini yuraklik yetkazishga boshladi. E'tiqodchilar bir niyat, bir maqsadda edi. Hech kim o'ziga tegishli pul melini o'zimning demakdi. Bariga o'rtaq edi. Elchilar Xudoning zo'r kuch-qudrati bilan Rabbimiz Aysoning tirilganligiga guvohlik berdi. Xudo ularning hammasiga mo'l baxt ato qilgan edi. Ularning hech nimaga hojati tushmaydi. Chunki ba'zilar yer zemini, uy joyini setib, pulini elchilarga topshiradi. Elchilar pulni har kimning ehtiyojiga qarab taqsim qiladi. Masalan, markaziy ibodatxonada ishlaydigan Laviylardan Siprusda tug'ilgan Yusuf ismli bir e'tiqodchi bor edi. Elchilar uni Barnaba, ya'ni rag'batlantirguvchi deb ataydi. U o'zining bir parcha etizini setib, pulini elchilarga topshirdi. 5-bob. Hananiya ismli yana bir odammi ayoli Sapra bilan bir parcha yerini sotdi. Hananiya bir qism pulni o'ziga qoldirdi. Oshqan pulni yerimizning hamma puli mushu deb elchilarga
topshirdi. Ayolimi buningdan to'liq xabardor edi. Petrus uningga: "Ananiya, nemishqa qo'sg'onga shaytonni kirgizib, yer sotgan pulning bir qismini o'zingga qoldirish bilan muqaddas ruhga yolg'on aytding? Yer setilmaganda sening edi. Setilgandan keyin pulmu o'zingning. Shundaq turuqliq, yana nemishqa g'arazlik holda pulning hammasi mushu deb kelding? Sen insonlig'ila emas, Xudog'imi yolg'on aytding?" dedi. Hananiya bu so'zni anglagan hamon yiqilib jon uzdi. Bu ishni anglag'uchilar bak qo'qishib ketdi. Yoshlardan bir nechisi kirib, jasadni kepallab, sirtqa opirib, dafn qildi. Taxminan 3 soatdan keyin Hananiyaning ayoli kirib keldi. Biroq u bo'lgan vaqadan texi xabar topmagan edi. Petrus uningdan: "Menga ayting, sizlar yer sotgan pulning hammasi mushumu?" deb so'radi. "Shundoq, hammasi shu" deb javob berdi u. Petrus: "Sizlar nima uchun muqaddas ruhni sinab til biriktirdinglar? Qarang, eringizni dabni qilib kelganlar ishik oldi turdi. Ular siznimi aketidi?" dedi. Umu shu an Petrusning oldiga yiqilib jon berdi. Elqi yoshlar kirib, uning o'lganligini ko'rib, unimi elib berib, erining yeniga dafn qildi. Bütün e'tiqodchilar jamoatchiligini va bu ishni anglaganlarni qattiq qo'rqinch bosdi. Elchilar xalq ichida nurg'un mo'jiza va karomatlarni ko'rsatdi. Barliq e'tiqodchilar markaziy ibodatxonadagi Sulaymon peshoyvini doim jam bo'ladi. Kishilar ularni hurmatlisimi, biroq ularga qo'shilishga jur'at qila olmaydi. Shundaq bo'lsa-mu, Rabbimiz Aysoga e'tiqod qilib, jamoatchilikka qo'shilgan ayollar borgan sari ko'paygudi. Yoritilgan mo'jizalar sababidan xalqlar kechal kishilarni ko'chalarga elib chiqib, ko'rpa va zambillarga yotqizib qo'yadi. Ular Petrus yo'ldan o'tganda kasallarga qo'lni tekkizmismi, hech bo'lmaganda soyis tushib, sog'ayib ketsin deb o'yladi. Ya'ni top kishilar Yerusalim yenidagi shahar yizlardan kasallarni va jin chopsuvagan kishilarni elib keladi. Ularning hammasi saqiyib qaytishadi. Bosh ruhoniy va uning sheriklari, ya'ni shu yerlik Saduqiy diniy iqimdagilar elchilarni zodi ko'rolmaydi. Shunga ular elchilarni tutib, hukumat zindoniga qamadi. Lekin shu kecha Xudoning bir farishtasi zindonning qatmuqat darvozalarini ochib, elchilarni elib chiqib, ularga: "Sizlar markaziy ibodatxona hovlisiga kirib, jamoatga yangi hayot to'g'risidagi ta'limlarning hammasini aytinglar" deb buyurdi. Elchilar bu so'z bo'yicha tong otganda, markaziy ibodatxona hovlisiga kirib, kishilarga ta'lim berishga boshladi. Bosh ruhoniy va uning sheriklari elchilarni so'roq qilish uchun Isroilning barliq oqsoqollarini Oliy kengashning umumiy yig'iniga chaqirdi. Ondan zindondagi elchilarni elib kelishga odam avatdi. Lekin ular zindonga yetib borganda, elchilarning u yerda yo'qligini bayqab, qaytib berib kengashmidgilarga: "Biz zindonga borsak, uning ishiga mahkam qulflar turibdi. Sirtida qorovullarni saqlab turibdi. Lekin ishni echib qarasak, ishida birmi odam yo'q" deb ma'lumot berdi. Markaziy ibodatxona qorovullarining boshlig'i va oliy ruhoniylar bu xabarni anglab, gangrab qilishdi. Endi bu ish qandoq bo'la deb o'z-o'zidan so'rashga boshladi. Dal shu chaqda bir kishi kirib: "Sizlar zindon tashlagan odamlar markaziy ibodatxona hovlisida jamoatga ta'lim beryotdi-ku" deb xabar qildi. Buning bilan yerki qorovullar boshlig'i qo'l ostidagilarni boshlab berib, elchilarni elib keldi. Biroq xalqning o'zlarini chalma kesak qilishidan qo'rqib, ularga zo'rliq ishlatmadi. Ular elchilarni elib kelgandan keyin ularni kengashma hayatlari oldida turg'izdi. Bosh ruhoniy
ularning ustidan shikoyat qilishga boshlab, biz sizlarni Ayso haqida kishilarga ta'lim bermanglar deb qattiq cheklagan edik. Lekin sizlar yana shu ta'liminglarni butun Yerusalimga yoydinglar hamda Aysoning qon qarzini bizga ortmoqchi bo'lyapsizlar, dedi. Petrus va boshqa elchilar javob berib mundoq dedi: Biz insonga emas, Xudoga bo'ysunishimiz kerak. Sizlar Hazrati Aysoni kreskga mixlab o'ltirdinglar. Lekin ajdodlarimiz e'tiqod qilib kelgan Xudo uni tirildirdi. Xudo Isroil xalqining gunohlariga tavba qilib, kechirim erishish fursatiga ega bo'lish uchun Hazrati Aysoni yetakchi ham qutquzuvchi qilib, o'zining o'ng yeniga o'ltirg'izdi. Biz bu ishlarning guvohchilari. Xudo o'ziga itoat qiluvchilarga ato qilgan muqaddas ruhmu bu ishlarni isbotlab berdi. Oliy kengash mahiyatlari bu so'zlarni anglab, intayin g'azablandi va elchilarni o'ltirmoqchi bo'lishdi. Lekin ularning orasida butun xalqning hurmatiga sozavar bo'lgan Farisiy dini iqimidagi Gamaliyil ismli bir Tavrat ustozi bor edi. U o'rnidan turib, ularni birdam sirtqa chiqarib turinglar, deb buyurdi. Ondan u kengashma hayatlariga mundoq dedi: Ey Isroillar, sizlar bu kishilarni bir taraf qilishda ehtiyot qilinglar. O'tganda heliqi ablah Tavdos o'tirg'i chiqib, o'zini cho'ng tutib vaqa chiqadi. Uningga taxminan 400 odam agashgan edi. Biroq u Rimliklar tarafidan o'ldirildi. Agashuvchilari tarqalib ketib, ishi yo'q chiqdi. Keyin nopus tizimlash vaqtida Galiliylik Yahudamu bosh ko'tarib chiqib, bir to'p kishini to'plab o'ziga agashtirgan. Umu o'ldirilib, agashuvchilarimi tarqitib etilgan. Endi bu kishilarga kelsak, meningcha eng yaxshisi ularni qo'yib beringlar. Ular bilan koringlar bo'lmasin. Agar ularning maqsadi va qilayotgani faqat insonning ishi bo'lsa, jazman mag'lub bo'ladi. Agar Xudodan bo'lsa, sizlar ularni yo'qotolmaysizlar. Hatto o'zinglarni Xudoga qarshi o'ringa qo'ygan bo'lasizlar. Oliy kengashma Gamoyilning taklifini qabul qildi va elchilarni chaqirtib kirib, ularni qamchilatib, hargiz Hazrati Ayso to'g'riliq ta'lim bermaslikni buyurdi. Ondan ularni qo'yib berdi. Elchilar kengashmadan chiqib, Xudoning o'zlarini Hazrati Aysoning nomi uchun xo'rliq azobi chekishga loyiq ko'rganligidan intayin xursand bo'lishdi. Ular yanıla har kuni markaziy ibodatxona hovlisida va uylaridimi ta'lim berib, Hazrati Ayso qutquzuvchi Masihdir deb to'xtamasdan xushxabar taqdiverdi. 6-bob. Shu kunlarda e'tiqodchilarning soni kundan kunga ko'payib bormoqda edi. Biroq grekcha so'zlaydigan ba'zi yahudiylar yerlik yahudiylardan ranjib qolgan edi. Ularning deyishicha, kundalik tomoqni taqsim qilishda ularning ichidagi tul ayollarga berilgan tomoq boshqalarnikidan oz ekan. Shunga 12 elchi butun e'tiqodchilarni yig'ib ularga mundoq dedi: Biz elchilarning Xudoning so'zini yetkazish xizmatini tashlab qo'yib, oziq-tulik taqsimlash bilan bo'lib ketishimiz to'g'ri emas. Shuning uchun qarindoshlar, oranglardagi hurmatga sazovar bo'lgan, muqaddas ruhga cho'mgan dono kishidan 7ni tanlanglar. Bu ishlarni shular boshqursin. Biz bo'lsak, o'zimizni duo qilish va xushxabar haqida ta'lim berishga beg'ishlaylik. Elchilarning taklifiga hammaylar qo'shilishdi. Shuning bilan ko'pchilik iymoni komil va muqaddas ruhga cho'mgan Stefan ismli bir e'tiqodchini tanladi. Uningdan boshqa Filip, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas hamda burun Yahudi diniga kirgan Antakiyalik Nikolaslarni tanlab,
ularni elchilarning oldiga elib chiqdi. Elchilar ularni bu xizmatga tayinlash uchun qo'llarini ularning uchiga tekkizib turib duo qilishdi. Xudoning so'zi davomli tarqalgan sari Yerusalimdagi e'tiqodchilarning sonimi borgan sari ko'paydi. Nurg'un ruhoniylarmi Hazrati Aysoga e'tiqod qildi. Xudoning mehr shafqati va kuch qudratiga to'lgan Stepan xalq ichida zo'r mo'jiza va karomatlarni ko'rsatdi. Biroq Kirini va Iskandariya shaharlari ham Kilikiya va Osiyo o'lkalaridan kelgan qulluqdan ozod bo'lganligi uchun hurlar deb atalgan ibodatxonaning a'zolari bo'lgan ba'zi yahudiylar Stepanga qarshi chiqib, uning bilan munozara qilishga boshladi. Lekin muqaddas ruh Stepanga aql farosat bergachga, ular uning so'zlariga taqobil turishga amalsiz qoldi. Buning bilan ular ba'zi odamlarning gelini yog'lab, biz bu odamning Musa payg'ambar va Xudoga qarta kufrlik so'zlaganligini anladik deb tuhmat qildi. Ular mushu usul bilan xalqni, oqsoqollarni va Tavrat ustozlarini quturtib, Stepanni tutqun qildirib, uni oliy kengashga elib bordi. Ularga setilgan soxta guvohchilar o'ttirg'i chiqib, bu odam hamisha bu muqaddas markaziy ibodatxonamizga va Tavrat qonunimizga qarshi so'zlarni qiladi. Biz uni Nasiralik Ayso bu ibodatxonani gumron qiladi. Musa payg'ambardan miros qolgan an'anaviy qoida tuzumlarimizni o'zgartirib etadi deganligini angladik, dedi. Kengashimizda o'tirganlarning hammasi Stepanga ko'z tikib qarag'inida uning chiroyining xuddi farishtaning chiroyiga o'xshash paqravatganligini ko'rdi. 7-bob. Bosh ruhoniy Stepandan ularning arzlarini rasmi deb so'radi. Stepan mundaq javob berdi. Atlar va akufkular, so'zimga quloq selinglar. Ajdodimiz İbrahim, texi Mesopotamiya rayonidan Haran sharqqa ko'chib borgan vaqtda shonu shafqatli Xudo uningga ko'rinib, sen o'z yurting va urug' jamatingdan ayrilib, men ko'rsatmoqchi bo'lgan yerga borg'in degan edi. Buning bilan ajdodimiz İbrahim Kaldanlarning zemini bo'lgan o'z yurtini tashlab, Haran shahriga berib, o'rinlashdi. Otasi o'lgandan keyin Xudo uni bu joyga, ya'ni sizlar hozir turayotgan joyga yetkazib keldi. U vaqtda Xudo uningga tava bir g'irishmi yer bermagan edi. Biroq İbrahimning texchi farzandi bo'lmagan bo'lsa-mu, Xudo va'da qilib, bu zaminni uningga va uning avlodlariga bermoqchi bo'ldi. Xudo ajdodimiz İbrahimga mundoq dedi: sening avlodlaring ma'lum bir chet davlatda musofirlikda 400 yil qul bo'lib, xo'rlikda yashaydi. Biroq ularni qul qilgan xalqqa jazo beraman. Uningdan keyin avlodlaring u yerdan chiqib, bu yerda menga ibodat qiladi. Keyin Xudo İbrahimga sen bilan tuzgan ahdimning belgisi xatni qilish bo'lsin, dedi. Ajdodimiz İbrahimdan İshaq tereldi. U tug'ilib 8-kuni xatnisi qilindi. İshaqdan İsroillarning otasi bo'lgan Yaqub tereldi. Yaqubdan İsroillarning 12 qabilasining bo'g'lari bo'lgan 12 o'g'il tereldi. Ularningmi xatnisi qilindi. Keyin ajdodimiz Yaqubning o'g'illari inisi Yusufdan hasad qilib, uni Misrga boradigan savdogarlarga qul o'rinda setivetdi. Lekin Xudo uning bilan birga bo'lg'ashqa, uni butun tatqan qiyinchiligidan qutqizib, uningga donishmandlik ato qilib, Misr podshohining hurmatiga erishtirdi. Podsho uni Misrga bosh vazir va orduning bosh xo'jadori qildi. Keyin butun Misr va Qanon yerlarida ig'ir ocharchilik yuz berib, zo'r ofat bo'ldi. Ajdodlarimiz oziq tuluksiz qoldi.
Mısırning ombirida ochliq borligini anglagan Yaqub o'g'illarini, ya'ni ajdodlarimizni u yerga avatdi. Birinchi qitim borganda ular inimiz Yusuf o'lgan deb uni tolmagan edi. Shunga ikkinchi qitim borganda ajdodimiz Yusuf oqlarga o'zining kim ekanligini oshkorladi. Ularni podshohga tonishtirdi. Shuning bilan ajdodimiz Yusuf otasi ajdodimiz Yaqubning oldiga oqlarini avatib, uni butun oila jamiyati bilan jami 75 kishini Misrga taklif qildi. Ajdodimiz Yaqub Misrga berib, keyin avlodlar bilan shu yerda olamdan o'tdi. Ularning jasadlari Shakam shahriga qaytarilib, ajdodimiz Ibrohim burun Homirning o'g'illaridan setib olgan yerlikka qo'yildi. Xudo ajdodimiz Ibrohimga sening avlodlaringni qulluqdan ozod qilaman degan va'dasini amalga oshirgan vaqt yetib kelishga oz qolganda Misrdagi Yahudilarning nopsi xeyli ko'paygan edi. U vaqtda ajdodimiz Yusufning Misr xalqi qilgan yaxshi ishlardan xabari bo'lmagan yangi bir podshoh Misrda taxtga chiqdi. Bu podshoh ajdodlarimizni hiyli mikrlar bilan ezib, xo'rladi, hatto ularni o'z bovoqlarini tashlab etishga majbur qildi. Musa payg'ambar mana shu chog'larda tug'ilgan edi. U Xudoning nazarida aloyida bola edi. Ota-onasi uni uyda 3 oy boqqandan keyin sirtqa tashlab etishga majbur bo'ldi. Biroq podshohning qizi uni qutqizib, o'z o'g'li qilib cho'ng qildi. Musa payg'ambar Misrliklarning oliy bilimlari bilan tarbiyalanib, so'z qobiliyati va ish bajarish iqtidoriga ega odam bo'lib chiqdi. U 40 yoshga kirganda o'z qarindoshlari bo'lgan Yahudilarning holdan xabar elish qaroriga keldi. U bir Misrlikning bir Yahudi qulni sababsizlik bo'zaq qilayotganini ko'rib, uni qo'g'dab, yo'lsizlik qilgan Misrlikni o'ldirib, uning intiqomini elib berdi. U Xudoning men orqali Yahudilarni qutqizilganligini Yahudi qarindoshlarim tushunadigu deb o'ylagan edi. Lekin ular buni tushunmadi. Atsi Musa payg'ambar 2 Yahudi qarindoshning urushayotganligini ko'rib, ularni yarashtirmoqchi bo'lib, sizlar qarindosh turib, nemishqa bir-biringlarga yo'lsizlik qilsizlar, dedi. Qarindishini bo'zaq qilgan kishi Musa payg'ambarni ittirib etib, kim seni bizga boshliq yoki so'roqchi bo'lsin debdi? Menimi tunugunki Misrlikni o'ltirgandek o'ltirmoqchimisan? dedi. Musa payg'ambar bu so'zlarni anglab, bu ishni boshqalarmi bildigan o'xshaydi deb qo'rqib, Misrdan Midian rayoniga ketib bordi va u yerda musofir bo'lib turib kelib, 2 o'g'ilga ota bo'ldi. 40 yildan keyin Musa payg'ambarga Sinay tog'ining yendiki ko'lda ko'yayotgan tikanlikning o't yolqinida bir farishta ko'rindi. Bu holni ko'rgan Musa payg'ambar intoyin hayron bo'lib, tegi taktini bilish uchun tikanlikning yeniga bordi. Bu chog'da u Xudoning "Men sening ajdodlaring Ibrohim, Ishoq va Yaqub e'tiqod qilib kelgan Xudo bo'laman" degan ovozini angladi. Musa payg'ambar qo'rqish titrab, qarashqimi jur'at qilolmadi. Xudo uningga yana "Sen turayotgan yer muqaddasdir. Shunga oyog'ingni silib et. Men Misrdagi bandlarimning xorlanayotganligini ko'rdim. Ularning noli faryodlarini haqiqatan angladim. Shunga men ularni qutqizg'ili tushdim. Endi bog'in, men seni Misrga avatay", dedi. Mana shu Musa payg'ambarni elki Yahudilar kim seni bizga boshliq yoki so'roqchi bo'lsin debdi, deb rad qilgan edi. Lekin Musa payg'ambarga Xudoning farishtasi ko'yayotgan tikanlikni ko'rinib, Isroil xalqini qutqizib, ularga yetakchilik qilsan deb, uni Misrga avatdi. Ana shu Musa payg'ambar xalqi yetakchilik qilib,
ularni Misrdan chiqargan edi, hamda Misrda Qizil dengizning bo'yida va 40 yilni o'tkazgan shu cho'llarda g'oyat zo'r mo'jiza va karomatlarni ko'rsatgan edi. Shu Musa payg'ambar o'zi ularga Xudo qarindoshlarimiz orasidan menga o'xshash bir payg'ambarni tiklaydi degan edi. U cho'llarda ajdodlarimizga boshchilik qilgan vaqtlarda Sinay teg'ida Xudoning farishtassi uningga yana ko'rinib so'z qildi. Musa payg'ambar hayotlik baxsh etgan so'zlarni anglab, uni ajdodlarimizga va ular orqali bizga yetkazdi. Shundoq bo'lsa-mu, ajdodlarimiz Musa payg'ambarning gapiga kirmay, uni rad qilib, ko'ngilda Misrga qaytishni orzu qildi. Musa payg'ambar Sinay teg'idan teg'i tushungan vaqtda, ular uning aksi Harunga bizga yo'l boshlaydigan butlar yasab bering. Bizni Misrni elib chiqqan heliqi Musaning nima bo'lib ketganligini bilolmadik, dedi. Shuning bilan ular mo'zay surtida bir but yasab, uningga atab qurbonlik qilib, sajda qildi. O'z qo'llari bilan yasgan bu butni xushal-xuromlik bilan tabriklashdi. Buni ko'rgan Xudo ajdodlarimizdan nazrni yo'tkab, ularni o'z ixtiyoriga qo'yib berdi. Ular osmondagi yulduzlarga cho'qinishga boshladi. Shuning bilan payg'ambarlar muqaddas yozmalarda xotirlagandek, Xudo ularni mundaq aybladi. Ey Isroillar, sizlar 40 yil jarayonida cho'lda qurbonlik qilganinglarda menga emas, balki o'z qo'llaringlar bilan yasgan butlarga, ya'ni Moloxning chediri va Rifonning yulduz shaklli surtni ko'tirib minib, ularga sajda qildinglar. Shunlashqa sizlarni Bobil shahrining chatriga qo'g'lab, surgun qilaman. Ajdodlarimiz cho'lda yashagan vaqtida ahdi chediri debmi atalgan ibodat chediri tikkan edi va qayerga bo'lsa, uni o'zi bilan birga yo'tkab, uningda Xudoga ibodat qiladi. Ibodat chediri Xudo Musa payg'ambar ko'rsatgan nusxa bo'yicha yasalgan edi. Ajdodlarimiz ibodat chedirga avlod igdorchilik qilgan va keyin Yashuning yetakchiligida Xudo qo'lgan millatlarning zaminlarini besib elib, ibodat chedirini bu yoqqa elib kelgan. Hatto podsho Davudning zamonigacha shu chedirda Xudoga ibodat qilgan. Podsho Davud Xudoning, ya'ni Yoqub e'tiqod qilib kelgan Xudoning shafoatiga erishib, uning uchun bir ibodatxona selishga uning o'zidan ijozat so'ragan. Biroq Xudo qo'shilmagan. Keyin podsho Sulaymon Xudo uchun bir ibodatxona solgan. Holbuki ulug' Xudo odam solgan ibodatxonalarda turmaydi. Yashaya payg'ambar orqali Xudo mundaq degan edi. Arsh mening taxtim bo'ladi. Zemin mening put qo'ydigan yerimdir. Sizlar menga buningdanmi yaxshi xona sola olamsizlar? Buningdanmi yaxshi oromgoh yasay olamsizlar? Osmon zemindagi mavjudotlarni men yaratdim-ku. Stepan so'zni oyoqlashtirib, ey bo'yni, yuragi va qulog'i qattiqlar, sizlar xatni qilinmagan kofirlarga o'xshash johil. Sizlar ajdodlaringlarga o'xshash Xudoning muqaddas ro'yiga doim qarshilik qilyapsizlar. Sizlarning ajdodlaringlar ziyonkashlik qilmagan biror payg'ambar bormi, ha? Ular Xudoning adolatchisi bo'lgan Hazreti Aysoning keldiganligini oldin jakarlaganlarni o'ltirishgan. Endi u o'zi kelganda sizlar uningga sotqinlik qilib, unimi o'ltirdinglar. Ajab ish-a! Xudoning qonunini farishtalar o'zi sizlarga yetkazgan bo'lsa-mu, sizlar uningga amal qilmadinglar, dedi. Stepanning bu so'zlarini anglagan Oliy Kengash hayatlari intayin g'azablanib, uningga
tishlarini g'uchurlatdi. Muqaddas ruhga cho'mgan Istipan bo'lsa, ko'zlarini ko'kka tikib, Xudoning porloq nurini va uning o'ng yonida turgan Hazrati Aysoni ko'rdi. Qaranglar, osmon ochilib, inson o'g'li Hazrati Aysoning Xudoning o'ng yonida turganligini ko'rdim, dedi u. Buni anglagan hayatlar qo'llari bilan quloqlarini etib elishib, chuqon silishdi va etilib berib, uni shaharning sirtiga ishtirib chiqarib, chalma kesak qilishga boshladi. Stepanni gunohkor deb guvohlik berganlar uni chalma kesak qilishdan burun chaponlarini Saul ismli bir yoshning yanida qo'yib qo'ygan edi. Stepan yomg'irdak yig'ayotgan toshning ostida turib, "Ey Rabbim Ayso, mening ruhimni qabul qilg'aysan", deb vaqirdi. Keyin u tizilib turib, qattiq ovoz bilan, "Ey Rabbim, bu gunohni deb ularni jazolamag'aysan", dedi. U bu so'zni qilib bo'libla jon uzdi. 8-bob. Istipanning o'ldirilishini Saul qo'llaydi. Shu kundan boshlab Yerusalimdagi e'tiqodchilar jamoatchiligi intayin dahshatli ziyonkashlikka uchrashga boshladi. Elchilardan boshqa butun e'tiqodchilar Yahudiya va Samariya o'lkalarining har qaysi joylariga taqilib ketishdi. Ba'zi ixlosmand kishilar Istipanni dafn qilib, uningga cho'ng hozir tutishdi. Lekin Saul e'tiqodchilar jamoatchiligiga vayronchilik selib, ayol e'tiqodchilarni uy-mo'y izlab tutib, zindonga tashlashga boshladi. E'tiqodchilar qayaga taqilishdan qat'iy nazar, ular shu yerda xush xabar yetkazdi. Masalan, Filip Samariya o'lkasining ma'lum bir shahriga berib, yerlik kishilarga Hazrati Ayso qutqizg'uchi Masih deb chaqirildi. Ko'pchilik buni anglab, hamda uning mo'jizalarini ko'rib, butun diqqati bilan uning so'zlariga quloq soldi. Jinlar o'zlari chopishgan kishilarning tenidan qattiq vaqirgan peti chiqib ketdi. Nurg'un palach, to'kurlarmu saqaytildi. Shuning bilan shu shahardagi kishilar cho'nqur xushalliqqa cho'mdi. U shaharda Shimon ismli bir baxshi bo'lib, o'zining sehrgarligi bilan shu joydagi xalqni bir mezgil hang-tang qoldirgan edi. U o'zini qaltis hisoblab, bak maqtanatdi. Yuqori va tuvan tabiqi kishilari uning so'zlarini butun diqqati bilan anglaydi. Ko'pchilik Xudoning ulug' kuch-qudrati mana shu deyishadi. U uzundan beri sehrgarligi bilan xaloyiqni hang-tang qoldirib kelganligidan kishilar uningga intayin diqqat qilib kelgan edi. Lekin ular hamda Filip yetkazgan Xudoning podshohligi va Ayso Masihga doir xush xabarga ishondi. Shuning bilan ularning orasidan nurg'ulgan ayollar cho'mildirishni qabul qildi. Shimon o'zimi ishondi va cho'mildirildi. U hamisha Filip bilan birga bo'ldi hamda Filip ko'rsatgan zo'r mo'jiza va karomatlarni ko'rib, intayin hayron bo'ldi. Yerusalimdagi elchilar Samariyaliklarning Xudoning so'zini qabul qilganligini anglab, Petrus bilan Yuhannani ularga avatdi. Ikkilan u yerga berishi bilan e'tiqodchilarga muqaddas ruhning ato qilinishi uchun duo qildi. Chunki ular Rabbimiz Aysoning nomi bilan cho'mildirilgan bo'lsa-mu, ularning hech qaysisiga muqaddas ruh texi tushmagan edi. Petrus bilan Yuhanna ularning uchiga qo'lni takkizib turib, duo qilgandan keyin muqaddas ruh ularga tushdi. Elchilar qo'lni takkizib qo'ygan kishilarga muqaddas ruhning ato qilinganligini ko'rgan Shimon elchilarga pul tanglab, "Bu kuch-qudratdan ma'lumni beringlar. Menmi kishilarning uchiga qo'llarimni takkizay. Ular men orqaliqmi muqaddas ruhni qabul qilsin", dedi. Lekin Petrus unga bunday javob berdi: "Xudoning bu sovg'atini pulga setib olg'ili bo'ladi deb o'ylagan bo'lsang, puling bilan billa halok bo'l. Bizning ishimizda sening hassang yo'q. Chunki Xudo oldida niyating xolis emas. Shunga
yomon niyetingdan yenib, Xudodan kechirim tile. Shundoq qilsang, Xudo seni kechirar. Chunki sening hasadga to'lib, gunohning to'rda ekanliging menga ma'lum. Shimon ularga, men uchun Xudodan tilanglarki, aytganlaringlardan birimi beshimga kelmasin, dedi. Petrus bilan Yuhanna yana shu shaharda Hazreti Ayso haqida guvohlik berib, Xudoning so'zini yetkazgandan keyin Samariyaning nurg'un yezi kentlariga berib, xush xabar yetkazgach, Yerusalimga qaytib ketdi. Shu vaqtda Xudoning bir farishtasi Filipga janubga qarab, Yerusalimdan Gaz shahriga mangdigan cho'ldagi yo'lga mang dedi. Filip yo'lga chiqdi. Yo'lda u Efiopiyalik bir yuqori darajalik amaldorni uchratdi. Bu kishi Kandas ismlik Efiopiya ayol podshoning bosh g'aznachisi bo'lib, Yerusalimga Xudoga ibodat qilg'ili borgan edi. Qaytish yo'lda o'z harvusida o'ltirib, Yashaya payg'ambarning yozmasini o'qib ketib boradi. Muqaddas ruh Filipga harvuga yetishibman dedi. Filip yugurib berib, amaldorning Yashaya payg'ambarning yozmasini o'qiyotganlarini anglab, uningdan o'qiganlaringizni tushundingizmi deb so'radi. Amaldor uningga, biri menga tushuntirib bermasa, men qandoqmi tushunalayman deb Filipni orsuga chiqib, yendi o'tirishga taklif qildi. Amaldor yozmaning mo'ni qismini o'qiyotdi. U go'yo bo'g'izlashga elib berilgan qo'ydek, qo'y qirg'uchi oldida yotgan paqlandek, un-tin chiqamay jim turdi. U xo'rlanadi, odillik bilan sotlanmaydi. U endi farzand yuzi ko'rolmaydi, chunki uning yer yuzidagi hayoti elib ketildi. Efiopiyalik amaldor Filipdan, payg'ambarning bu so'zi kimga qartilgan bo'lg'iydi? O'zgimi yoki boshqalargimi? deb so'radi. Filip tushuntirishga boshladi. U yozmaning shu qismidan boshlab amaldorga Hazrati Aysoga doir xush xabarni so'zlab berdi. Shundoq qilib amaldor Hazrati Aysoga e'tiqod qildi. Ular yo'lda ketib yetib, suba bir yerga kelganda amaldor, bu yerda suba ekan, mushu yerdala cho'mildirilsam bo'lmamdi, dedi. Amaldor Harunni to'xtatishni buyurdi. Filip uning bilan birga suvga tushib, uni cho'mildirdi. Ular suvdan chiqqanda muqaddas ruh Filipni boshqa bir shaharga elib ketdi. Amaldor uni qayta ko'rolmagan bo'lsa-mu, xushol xuramlik bilan yo'lini davomlashtirdi. Filip bo'lsa, o'zining Ashdod shahrida ekanligini bilgandan keyin, u yerdan Qaysariya shahrichi bo'lgan hamma shaharlarni kezib, xushxabar yetkazdi. 9-bob. Shu chog'larda Saul Rabbimiz Aysoga e'tiqod qiluvchilarga davomli o'lim tahdidi kelayotdi. U bosh ruhiyning oldiga berib, Damashq shahridagi Yahudi ibodatxonlarga tonishtirish xati yezib berishni talab qildi. Shunda qilib Saul Damashqdagi Yahudilarning yordamini elib, Hazrati Aysoning yo'lda mangan ayollarni tutqun qilib, ularni Yerusalimga so'roq qilishga elib kelmoqchi bo'ldi. Saul xatlarni elib yo'lga chiqdi. Damashq shahriga yetib kelishga oz qolganda, to'satdan osmonning kuchli bir nur tushib, Saulning atrofini yo'rtib etdi. Yerga yiqilgan Saulga, "Saul, Saul, bana nemishqa ziyonkashlik qilasan?" degan bir ovoz anglandi. "Ey Rabbim, sen kimsan?" deb so'rdi u. "Men sen ziyonkashlik qilayotgan Ayso. O'rningdan turib, shaharga kir. Nima qilishing kerakligini biri sana aytib berdi" degan javob keldi yilqi ovozdan. Saul bilan bilinmagan kishilarning qo'qinidan zuvallari tutilib, tug'an yerida qetib qoldi. Chunki ular ovozni anglasa-mu, gap qilgan birarsini
ko'ramigan edi. Saul o'rnidan turib, ko'zini ochib qaradi, lekin hech narsani ko'ramadi. Hamrohlari uning qo'lidan yetilab Damashqqa elib kirdi. 3 kungacha hech nimani ko'ramigan Saulning yelidan hech narsa o'tmadi. Damashqda Hazrati Aysoning Hananiya ismli bir e'tiqodchisi bor edi. Uningga bir vahiy keldi. Rabbimiz Ayso uni Hananiya deb chaqirdi. "Ey Rabbim, maniman" deb javob berdi u. Rabbimiz Ayso uningga "Sen darhol tuz ko'chasiga berib, Yahudaning uyidan Tarsusluq Saul ismli birini top. Chunki shu topda u duo tilovat qilyotdi. Duo qilyotganda men uningga Hananiya ismli bir kishining kelib, uningga qo'lini taklishi bilanla ko'zining asiga keldiganligini ayon qildim" dedi. Hananiya unumay mundaq javob berdi. "Ey Rabbim, nurg'un kishilarning bu odam haqida aytganlarini angladim. U Yerusalimda sana e'tiqod qiluvchilarga intayin rahimsizlarsiz yonkashlik qilgan. Hozir u Damashqqa kelib, sana ibodat qilgan kishilarni tutish uchun oliy ruhoniylardan huquq olibdi." Rabbimiz Ayso uningga "Borive, men bu odamni Yahudi emaslarga va ularning podshohlariga ham Isroillarga meni tonishtirish uchun o'zim tanladim. Men uningga mening uchun jazman xilma-xil azob oqibat tatishga to'g'ri keldiganligini ko'rsataman" dedi. Buning bilan Hananiya yilqi uyga berib, qo'llarini Saulning uchisiga tekkizib, "Qarindishim Saul, bu yerga kelayotganingda yo'lda sana ko'ringan Rabbimiz Ayso ko'zing asliga kelsin va seni muqaddas ruhga cho'msin deb meni shaxsan o'zi avatdi" dedi. Shu hamon Saulning ko'zlaridan beliq qasirg'idek narsalar tushib, ko'zlari ochilib, ko'ralaydigan bo'ldi. U o'rnidan turib, cho'mildirishni qabul qildi. Tamoq yegandan keyin jismoniy quvvatimi asliga keldi. Saul Damashqdagi e'tiqodchilarning yanida bir necha kun turdi va darhol Yahudi ibodatxonalariga berib, Hazrati Ayso Xudoning o'g'li deb ta'lim berishga boshladi. Anglag'uvchilar uning so'zlaridan hayron bo'lishib, bu odam Yerusalimda Aysoga e'tiqod qiluvchilarga vahiylarsiz yonkashlik qilgan yilqi odam emasmi? Bu yagimi e'tiqodchilarni oliy ruhoniylarga tutib berish maqsadida kelganmidi? deyishdi. Lekin Saul texmo qoyilliqlarlik ta'lim berib, Damashqdagi Yahudiylarni Hazrati Aysoning qutquzuchi Masih ekanligini rad qilishga amalsiz qoldi. Bir mezgildan keyin Yahudiylar Saulga suiqasd qilmoqchi bo'ldi. Saulni tutib o'ldirish uchun ular kech-kunduz shaharning darvozasida uni kutdi. Biroq biri ularning uni qasdlamoqchi bo'lganini Saulga yetkazib qo'ydi. Shunga uning shogirdlari bir kuni kechida uni cho'ng sevatga o'tirg'izib, sepil ko'ngirdan otildirib tushirdi. Saul Yerusalimga berib, u yerdagi e'tiqodchilarga qo'shilmoqchi bo'ldi. Lekin e'tiqodchilar uning Hazrati Aysoga e'tiqod qilganligiga ishonmay, uningdan qo'rqdi. Biroq Barnaba uningga yordamchi bo'lib, uni elchilar bilan ko'rishtirdi. Ular Saulning Damashq yo'lida Rabbimiz Aysoni qanday ko'rganligini, Rabbimiz Aysoning uningga gap qilganligini tushundirdi. Va Damashqda uning Hazrati Ayso haqida qanday jur'at bilan ta'lim berganligini uqtirib, ularni qoyil qildi. Buning bilan Saul Yerusalimda elchilar bilan birga bo'lib, yuraklik holda Rabbimiz Ayso haqida ta'lim berdi. U yana Grekcha so'zlaydigan Yahudiylar bilan so'zlashib, talishib qoldi. Buning bilan ular uni o'ldirmoqchi bo'ldi. E'tiqodchilar bu ishdan xabar tepib, uni Qaysariya shahriga elib berib, bu yerdan Tarsus degan shaharga yo'lga soldi. U chaqda Yahudiya, Galiliya va Samariyalardagi e'tiqodchilar jamoatchiligi bir mezgil tinchlikqa erishdi. Muqaddas ruhning yordami bilan
ularning e'tiqodi kuchayib, hamisha ixlosmandlik bilan Xudo yo'lida mangdi. Ularning sonimi kundan kunga ko'paydi. Shu vaqtda e'tiqodchilarni yo'qlash uchun har qaysi joylarni orlab yurgan Petrus bir qitim Lidda shahrida turadigan e'tiqodchilar bilan ko'rishdi. Bu yerda u Aniyas ismli bir odamni uchratdi. Bu odam palash bo'lib, o'rin tutib yotqili 8 yil bo'lgan ekan. Petrus uningga: "Aniyas, Aysa Masih seni saqaytdi. O'rningdan turib, ko'rpangni yig'ishtir", dedi. Aniyas darhol o'rnidan turdi. Buni ko'rgan Lidda shahridagi va Sharon rayonidagi nurg'un odamlar Rabbimiz Aysoga e'tiqod qildi. Jaffa shahrida Tabita ismli bir ayol e'tiqodchi bor edi. Grekcha ismi Dorkas bo'lib, kiyik degan ma'noda. U har vaqt yaxshi ish qilgan bo'lib, namratlarga yordam qiladi. Bir kuni u kasal bo'lib, o'lib ketdi. Kishilar jasadni yuvib kepallab, ustungi qavatdagi uyga yotqizib qo'ydi. Jaffa shahri Lidda shahriga yaqin edi. Shunga Jaffadagi e'tiqodchilar Petrusning Liddada ekanligini anglab, uning oldiga 2 odam avatib, "Chopsan yetib keling", deb taklif qildi. Petrus darhol yo'lga chiqib, ular bilan birga Jaffaga keldi. Petrus Jaffaga yetib kelishi bilan ustungi qavatdagi uyga boshlab chiqildi. Barliq tul ayollar Petrusning atrofiga o'lishib, yig'izor qilishdi va Dorkasning hayot vaqtida o'ziga tikib olgan kiyimlarini uningga ko'rsatishdi. Petrus hammaylarni chiqarib etib, tizilib o'tirib, duo qilgandan keyin jasadga qarab, "Tabita, o'rningdan tur", dedi. Tabita ko'zini ichib, Petrusni ko'rib, beshini ko'tarib o'ltirdi. Petrus oldiga berib, uni yo'lab turg'izdi va tul ayollar bilan boshqa e'tiqodchilarni chaqirib, Dorkasni ularga tirik topshirib berdi. Bu xabar butun Jaffaga tarqalib, nurg'un kishilar Rabbimiz Aysoga e'tiqod qildi. Petrus Jaffada Shimon ismli bir teri alivchining uyida bir mazgil turdi. 10-bob. Qaysariya shahrida Korneli ismli bir odam bo'lib, u Rim qo'shinidagi Italiya deb atalgan qismning yuzbeshi edi. U taqvodor odam bo'lib, o'zi va uydagilarning hammasi Xudoga ibodat qiladi. U garchi Yahudilarning xushi yo'q Rimliklardan bo'lsa-mu, mardlik bilan nomrod Yahudilarga pul beradi va doim Xudoga duo qiladi. Bir kuni tushdan keyin soat 3larda uningga bir g'oyibona alomat ko'rindi. U Xudoning bir farishtasining o'zining yeniga kelganligini ochiq ko'rdi. Farishta uni "Korneli" deb chaqirdi. Korneli intayin cho'chigan holda uningga ko'zlarini tikib, "Taqsir, nima ish?" deb so'radi. Farishta uningga "Sening duolaring va namratlarga qilgan xayr saxovating haqidagi xabarlar Xudoga yetdi. Endi sen Jaffaga odam avatib, Simon Petrus ismli kishini chaqirtib kel. U Shimon ismli bir teri ayluvchining uyida mehmon bo'lib turibdi. Shimonning uyi bo'lsa, dengiz bo'yida", dedi. Uningga gap qilgan farishta g'oyib bo'lgandan keyin Korneli uy xizmatchilaridan 2 va shaxsiy yordamchilar ishidagi ixlosmand bir lashkarni chaqirdi. Bo'lgan ishlarni quturgandan keyin ularni Jaffaga avatdi. Ertasi ular Jaffaga yaqin bo'lganda tush vaqti bo'lib, Petrus duo qilish uchun o'gizga chiqdi. Uning qo'siga ichib bir narsa yeyisi kelgan edi. Tomoq tayyorlanayotganda Petrusning ko'ziga bir g'oyibona alomat ko'rindi. Osmon yerilib, keng dasturxondek bir narsaning 4 bujugidan bog'langan holda yer yuziga tushayotganligidek bir holatni ko'rdi. Dasturxonda har xil 4 putli hayvonlar, yer beg'ilg'uchilar, uchar qanotlarmi bor bo'lib,
ularning orasida harom hayvonlarmi bor edi. Uningga, o'rningdan tur, Petrus, ularni so'yib ye, degan ovoz anglandi. Ey Rabbim, hargiz bo'lmaydi. Men hech qachon, hech qanday nopak, harom narsani og'zimga olgan emasman, dedi Petrus. Biroq Petrusga yana, Xudo halol deganni, sen harom desang bo'lmaydi, degan ovoz anglandi. Bu ish 3 qatim takrorlanib, dastonga o'xshaydigan heliqi narsa osmonga ilib chiqib ketildi. Petrus ko'zi ko'ringan alomatning ma'nosini tushunamay, o'ylab turganda, Kornili avatgan kishilar Shimonning uyini tepib, darvoza oldida turib, Simon Petrus ismli bir mehmon bu yerda turamdi, qandoq? deb to'g'ladi. Petrus texchi hilqi g'oyibona alomatning ma'nosi zoti nimidir deb o'ylab o'tadi. Muqaddas ruh uningga, seni 3 odam izlab keldi. Past kuchish. Ular Yahudi bo'lmasimi? Ularni kofir demay, ikkilanmay, ular bilan birga bor. Chunki ularni men avatdim, dedi. Petrus pastga tushib, yeliqi odamlarga, sizlar izlagan kishi men bo'laman. Bu yoqqa kelishinglarning sababi nemikin? dedi. Bizni Rimlik yuzbeshi Kornili avatdi. U Xudoga ibodat qiladigan durust odam bo'lib, butun Yahudi xalqining hurmatiga sazovardir. Xudoning bir muqaddas parchasi uningga sizni uyiga chaqirtib, ta'limingizni anglashni buyurgan, deb javob berdi ular. Bu so'zlarni anglagan Petrus ularni uyiga taklif qilib, qo'ndirib mehmon qildi. Atsi Petrus ular bilan birga yo'lga chiqdi. Jafodagi e'tiqodchilarning ba'zilarimi ular bilan birga bordi. Ikkinchi kuni ular Qaysariyaga yetib bordi. Korneli tuqqanlari va yaqin yor birodarlarini uyiga yig'ib Petruslarni kutib turardi. Petrus uyga kirganda Korneli oldiga chiqib, oyog'iga bosh qo'yib sajda qildi. Petrus darhol uni yo'lab turg'izib, o'rningizdan turing. Menmi sizga o'xshashli bir odam, dedi. Petrus Korneliga gap qilgach, uyga kirdi. U uyning ichiga yig'ilgan jamoatni ko'rib ularga, sizlarga ma'lumki, biz Yahudiylarning Yahudi emaslar bilan aloqa qilishimiz an'anaviy qoidamizga xilof. Hatto uylaringlarga kirsakmi bo'lmaydi. Lekin Xudo menga bir vahiy orqali har qanday kishini nopak demasligim kerakligini ko'rsatdi. Shuning uchun sizlar odam avatib meni chaqirganda ikkilanmay oldinglarga keldim. Endi mening so'ramoqchi bo'lganim, meni nemishga chaqirdinglar, dedi. Korneli mundaq dedi. 4 kunning oldida, dal mush vaqtda, ya'ni tushdan keyin soat 3larda men uyda duo qilib o'tatdim. Tuyuqsiz kimlardan nur chaqnab turadigan bir farishta odam shaklida oldimda paydo bo'lib, Korneli, duoying Xudoga yetdi. Xudo nomratlarga qilgan xayr saxovatingdanmi xabardor. Shunga jafoga odam avatib, Simon Petrus ismli odamni chaqirtibke. U teri ayliguvchi Shimonning uyida mehmon bo'lib turdi. Shimonning uyi dengiz bo'yida, dedi. Shuning uchun darhol o'zlarini chaqirib kelishga odam avatgan edim. O'zlarining qadam tashib qolganlari to'lma obdan bo'ldi. Endi biz hammaylan Xudo o'zlariga degan barliq so'zlarni anglash uchun Xudoning oldida tayyor turibdimiz. Petrus so'zini boshlab mundaq dedi. Xudoning har qanday odamni, mayli u qaysi millatdan bo'lishidan qat'i nazar, tan ko'radiganligini, ixlosmand va to'g'ri ish qiladigan kishi bo'lsa, Xudoning uni qabul qiladiganligini endi tushundim. Sizlar Xudo Isroil xalqi yetkazgan xush xabarni anglagangu. Xudo butun insonlarning egisi bo'lgan Ayso Masih orqali bizni o'zi bilan yarashtirdi. Sizlarning Yahyo payg'ambar cho'mildirish chaqirig'ini
yetkizgandan tortib, Galileya o'lkasidan boshlab, butun Yahudiya zeminlarida yuz bergan Nasiralik Aysoga munosabatlik zo'r voqealardan xabaringlar bor. Xudo uni tayinlab, uningga o'zining muqaddas ruhi va kuch-qudratini ato qildi. U hammiyani kezib, yaxshi ishlarni qilib, shaytonning ilkida bo'lganlarning hammasini saqaytdi. Chunki Xudo uningga yor edi. Biz elchilar uning Yerusalim va Isroilning boshqa yerlarida qilgan butun ishlarining guvohchilari. Gerçi Hazreti Ayso Yerusalimda kristga mixlanib, o'ltirilgan bo'lsa-mu, 3-kuni Xudo uni qayta tirildirib, kishilar orasida namoyon qildi. Biroq hamma kishiga emas, faqat o'zi tanlagan guvohchilar, ya'ni u o'limdan tirilgandan keyin uning bilan bir dastonda o'tirgan biz elchilar orasida namoyon qildi. U bizning xushxabar yetkazishimizni, tiriklar va o'lganlarning so'roqchi qilinib tayinlangan kishining o'zi ekanligini xalqqa jakorlashimizni buyurdi. Payg'ambarlarning hammasi u haqda Hazreti Aysoga itoat qilganlarning gunohlari uning nomi bilan kechirim qilindi degan. Petrus Xudoning bu so'zini qilayotganda, anglayotgan hamma kishining vujudiga muqaddas ruh tushdi. Petrus bilan birga jafodan kelgan Hazreti Aysoga itoat qilgan Yahudiylar Xudoning muqaddas ruhni Yahudi emaslarga ato qilganini ko'rib, bak hayron bo'lishdi. Ularning boshqalarning o'zlariga noma'lum bo'lgan tillarda so'zlashib, Xudoning ulug'ligini madlayotganligini anglaganligi shubhasiz edi. Shunga Petrus, Xudo xuddi bizga ato qilgandek, ularga muqaddas ruhni ato qilgan tutsa, ularni suvga cho'mildirishni qabul qilishga kim qo'shilmaydi, dedi. Shuning bilan Petrus ularning Ayso Masihning nomida cho'mildirilishini buyurdi. Keyin ularning talbi bo'yicha Petrus ular bilan birga bir necha kun turdi. 11-bob. Elchilar va butun Yahudiya o'lkasidagi boshqa e'tiqodchilar ba'zi Yahudi emaslarning Xudoning so'zini qabul qilganligini angladi. Shunga Petrus Yerusalimga qaytganda, Hazreti Aysoga e'tiqod qilgan Yahudilarning ba'zilari uni ayblab, "Sening xatda qilinmagan Yahudi emaslarning uyida mehmon bo'lib, ular bilan hamdastxon bo'lganing zodi qandaq ish?" dedi. Petrus bütün ishning jarayonini ularga bir-birlab tushuntirdi. U mundaq dedi: "Jafo shahrida duo qilayotganimda bir g'oyibona alomatni ko'rdim. Kang dastondak bir narsa 4 bujugdan bog'langan holda osmondan tushib, mening yenimda to'xtab qoldi. Sapsilib qarsam, uning ichida har xil 4 putliq hayvonlar, yovvoyi hayvonotlar, yer berilg'uchilar, uchar qanotlarning bor ekan. Keyin menga o'rningdan tur Petrus, ularni so'yib ye degan ovoz anglandi. Men, ey Rabbim, hargiz bo'lmaydi. Ben hech qachon har qanday nopok, harom narsani og'zimga olgan emasman, dedim. Biroq menga yana Xudo halol deganni sen harom dema degan ovoz anglandi. Bu ish 3 qatim shundoq takrorlanib, oxir yirik narsa osmonga elib chiqib ketildi. Dal shu chog'da Qaysariydan meni chaqirishga avatilgan 3 kishi men turgan uyning darvozasining oldiga keldi. Muqaddas ruh meni, garchi ular Yahudi bo'lmasa-mu, ikkilanmay ular bilan birga berishga buyurdi. Jafodan kelgan bu 6 qarindoshmi men bilan birga bordi. Qaysariyaga yetib kelib, Korneli ismli odamning uyiga kirdik. Korneli bizga o'zining uyida bir farishtani qanday ko'rganligini aytdi. Farishta uningga, sen Jafoga odam avatib, Simon Petrus ismli bir odamni chaqirtib kel. U sana sening va oilaning qutqarish yo'lini so'zlab berdi degan ekan. Men gap qilishga boshlaganda, muqaddas ruh xuddi burun bizning vujudimizga tushganidek ulog'imga tushdi.
Şu çağda Rabbimiz Aysa'nın Yahya peygamber kişilerini suğu çömüldürgen. Lekin sizler muqaddas ruhqa çömüldürülsizler deginini esimga aldım. Nahayeti roşan ki biz Aysa Masihga e'tiqod qilganlikdan Xudo bizga o'zining ruhini ato qilganiga o'xshash, uni Yahudi emasligimu ato qildi. Shundoq tursa, men Xudoga qandoqmi to'sqinlik qila oldim. Ular bu so'zlarni anglaganda Petrusni ayblashni to'xtatib, Xudoga madhiya o'qib, Yahudi emaslarmu yomon yo'llardan yenib tavba qilsa, Xudo ularg'imu mangulik hayotga erishish fursati yaratib berdi ekan, deyishdi. U chog'da Stepanning o'ltirish vaqasida kelib chiqqan ziyonkashlik tufaylidan har qaysi joylarga taqilib ketgan e'tiqodchilarning ba'zilari hatto Fenikiya rayoni, Siprus orili va Suriyadagi Antakiya shahri degan joylarga ketishdi. Ular Xudoning so'zini faqat Yahudiylarga yetkazdi. Lekin Siprus orili va Kirene shahridan kelgan ba'zi e'tiqodchilar Antakiya shahriga berib, Rabbimiz Ayso haqidagi xush xabarni Yahudi emaslarga yetkazdi. Rabbimizning kuch qudrati ular bilan birga bo'lg'ashqa, nurg'un kishilar ularning so'zlariga ishonib, Rabbimiz Aysoga e'tiqod qildi. Bu xabar Yerusalimdagi e'tiqodchilar jamoatchiligiga yetib keldi. Ular bilib beqish uchun Barnabani Antakiyaga avatdi. Barnaba yetib berib, Xudoning u yerdagi xalqqa baxt ato qilganligini ko'rib, xushal bo'ldi. U ko'pchilikni jon dili bilan Rabbimiz Aysoga sodiq bo'lishga rag'batlantirdi. U muqaddas ruhga cho'mgan, iymoni komil, yaxshi bir odam bo'lib, uning turkisida nurg'un odam Rabbimiz Aysoga e'tiqod qildi. Keyin Barnaba Tarsus shahriga Saulni izlab berib, uni tepib Antakiyaga elib keldi. Ikkilan e'tiqodchilar jamoatchiligi bilan birga saq bir yil turib, nurg'un odamga Hazrati Ayso haqida ta'lim berdi. E'tiqodchilarni xristianlar deb atash Antakiyadan boshlandi. U kunlarda Yerusalimdan Antakiyaga ba'zi payg'ambarlar keldi. Bulardan Agabus ismli bir aylan muqaddas ruhning ta'siri bilan o'ttirg'i chiqib, butun Rim dunyosida qattiq ocharchilik bo'lganligini oldin aytdi. Bu ocharchilik darvaqa Claudius podshoh hukm surgan yillarda yuz berdi. Buning bilan Antakiyadagi e'tiqodchilar har biri o'z ahvoliga qarab pul iona qilib, Yahudiya o'lkasida yashaydigan e'tiqodchilarga yordam berishni qaror qildi. Ular bu qarorni amalga oshirib, to'plagan ionalarini Barnaba va Saul orqali Yahudiyadagi e'tiqodchilar jamoatchiligining yetakchilariga yetkazib berdi. 12-bob. Shu chog'larda Herodxon e'tiqodchilar jamoatchiligidagi ba'zi kishilarni tutib, ularga ziyonkashlik qilishga boshladi. U Yuhannaning aksi Yaqubning qallisini oldi. O'zining bu harakatidan Yahudiylarning rozi bo'lganligini ko'rib, Petrusni tutqun qilishni buyurdi. Bu vaqa Petrning hayti mazgilida yuz berdi. Petrusni tutgandan keyin uni zindonga tashlab, har biri 4 lashkardan tashkil topgan 4 navbatchi qorovullar to'piga topshirdi. Yetdan keyin Herodxon uni ochiq sud qilib o'ltirmoqchi bo'ldi. Petrus zindonda tutib turildi. Lekin e'tiqodchilar jamoatchiligidagi qarindoshlar uning uchun Xudoga samimiy duo qilishdi. Herodxon Petrusni elib chiqib, sud qilishning oldingi kechasi Petrus 2 zanjir bilan bog'langan bo'lib, 2 qorovulning o'rtasida uxlayotdi. Ishining sirtig'imi qorovul qo'yilgan edi. Tuyuqsiz kameraga kuchli bir yorug' nur tushib, Xudoning bir farishtasi ko'rindi. Farishta Petrusning mursiga qiqib, "Tez tu" deb uyg'otdi. Petrusning qo'lidagi zanjir shu an bo'shab tushib ketdi. Farishta uningga "Kiyimingni kiyib ol, oyog'ingni kiy" dedi. Petrus uning deganini qildi. Farishta yana
chopiningni yepinchoqlab, kaynimdan mang, dedi. Petrus uningga egishib, kamerdan chiqdi. Biroq u farishtaning qilayotganining rostligini bilmay, bir g'oyibona alomat ko'ribman deb o'ylagan edi. Ular birinchi va ikkinchi qarvul postidan o'tib, zindonning shaharga chiqadigan to'mir darvozasiga borganda, darvoza o'zligidan ichilib ketdi. Ular darvozadan chiqib, bir ko'chadan o'tganda, farishta tuyuqsiz Petrusning yenidan g'oyib bo'ldi. Shu chog'da Petrus esi kelib o'ziga, "Endi men bu ishning rostligini bildim. Rabbim bir farishta avatib meni Herodxonning qo'lidan va Yahudilarning men qilmoqchi bo'lgan barliq ziyonkashligidan qutqizibdi", dedi. Petrus bu ahvolni tushunib, Markus deb atalgan Yuhannaning onasi Maryamning uyiga bordi. U yerda nurg'un kishilar yig'ilib, duo tilovat qilyotdi. Petrus darvozani qoqqanda, Rodi ismli bir dedak ovozni anglab chiqdi. U Petrusning ovozini tonib, xushalligidan eshikni ochmay yugurib berib, ko'pchilikka "Petrus darvoza oldi ekan" deb xabar qildi. "Saram bo'lib qoldingmi?" deyishdi ular. Lekin dedak rost deb turib oldi. Ular uning ro'yi bo'z kerak deyishdi. Petrus darvozani qiqiygandan keyin ular chiqib, darvozani ochib qarasa, darvaqa u ekan. Hammaylan hang-tang bo'lishdi. Petrus ko'pchilikka ovoz chiqamaslikqa qo'l ishorati qilib, ularga Xudoning o'zini zindondan qanday elib chiqqanligini tushuntirdi. Ondan keyin u bu xabarni Yoqubga va boshqalarga uqtirib qo'yinglar deb, o'zi u yerdan boshqa yerga ketdi. Tong otganda qarovullar patparoq bo'lishib ketdi. Ular Petrusning qanday chiqib ketganligini bilolmadi. Herodxon uni izlashga amr qildi. Lekin uning iz derigini topamadi. Shuning bilan u qarovullarni so'roq qilib, ularga o'lim jazosi berishni buyurdi. Uningdan keyin Herodxon Yahuda o'lkasidan Qaysariya shahriga qaytib ketdi. Keyin Herodxon Tir va Sidon xalqiga qattiq ochiqlandi. Bu xalqlar ochliqni xonning ilkitki joylardan oldigan bo'lg'achqa, ular birlashib Herod bilan yarışib olish uchun uning oldiga vakil avatdi. Ular oldi bilan Vilastus ismli muhim amaldorning yesdoshligini qo'lga keltirdi. Belgilangan ko'rishish kunida Herod xonlik to'nini kiyib, taxtida o'ltirib ularga nutq so'zildi. Ular, "Bu odamning so'zlari emas, balki xudolarning birining so'zidir", deb yuqori ovoz bilan uni maqtashdi. Herod Xudoga taalluq shon-sharafni o'zining qilganligi uchun Xudoning farishtasi shu an uni urdi. Natijada u qurtlab o'ldi. Lekin Xudoning so'zi davomli tarqalib, uningga e'tiqod qilguvchilarning soni ko'paymoqda edi. Barnaba bilan Saul Yerusalimda iyonlarini topshirib bergandan keyin Antakiyaga qaytib ketdi. Ular Yuhanna Markusni birga elib ketdi. 13-bob. Antakiyadagi e'tiqodchilar jamoatchiligida ba'zi payg'ambarlar va ta'lim beruvchilar bor edi. Ular Barnaba, Qori laqamli Shimon, Kirenilik Luki, Herodxon bilan birga cho'ng bo'lgan Minahin va Saul qatorliqlar edi. Bir kuni ular Xudoga ibodat qilib ro'za tutayotgan vaqtida muqaddas ruh ularga Barnaba bilan Saulni men chaqirgan xizmatlarni qilishga ajirtinglar dedi. Shuning bilan ular yana ozroq vaqt ro'za tutib, duo qilgandan keyin Barnaba bilan Saulni ajirtish uchun ularning uchisiga qo'llarini takkizib, ularni uzitib qo'ydi. Muqaddas ruhning buyrug'i bilan yo'lga chiqqan Barnaba bilan Saul Selakiya shahriga berib, u yerdan kemaga o'tirib, Siprus degan orolga qarab yo'lga chiqdi. Ular Salami shahriga yetib kelib, Yahudi ibodatxonalarida Xudoning so'zlarini yetkazishga boshladi. Yuhanna Markus ularning ishlariga yordamlashdi. Ular butun orolni orlab chiqib, Pavus shahriga keldi. Ular u yerda o'zini payg'ambar deb otib olgan Baryashu ismli bir Yahudi sehrgar bilan uchrashib qoldi. U sehrgar
Bu orolning bilimlik Rimlik valisi Sergius Paulning tonishi edi. Vali Sergius Barnaba bilan Saulni chaqirtib, Xudoning so'zlarini anglamoqchi bo'ldi. Lekin ilk sehrgar uning grekcha ismi Alimas bo'lib, sehrgar degan ma'noda qarshi chiqib, valini bu e'tiqodni qabul qilishdan to'sishga tirishdi. Biroq muqaddas ruh cho'mgan Saul grekcha ismi Pavlus. Ilk sehrgarga tikilib qarab uningga: "Hey shaytonning o'g'li, hamma odillikning dushmanisan. Qalbing har xil hiyligarlik va aldamchilik bilan to'lgan. Xudoning to'g'ri yo'llarini burmulashni zodi to'xtatmamsan. Endi Xudo seni jazoga tortadi. Ko'zlaring kor bo'lib, bir mezgil kunning yorug'ini ko'rolmaysan", dedi. Shu an Alimas ko'zlarini bir qora tuman to'sqanligini sezdi. U qo'llarini uzitib, boshqalarning yetakchisini o'tindi. Yuz bergan ahvolni ko'rgan vali ularning Rabbimiz Ayso haqidagi ta'limlariga hayron bo'lib, Hazrati Aysoga e'tiqod qildi. Pavlus bilan uning amrolari kemaga o'tirib, Pafosdan Pamfiliya o'lkasining Perga shahriga bordi. U yerda Yuhanna Markus ulardan ayrilib, Yerusalimga qaytdi. Pavluslar bo'lsa, Perga shahridan safarini davomlashtirib, Pisidiya rayonidagi Antakiya shahriga berib, dam olish kuni Yahudiylarning ibodatxonasiga kirdi. Tavrot va payg'ambarlarning ta'limlari o'qilgandan keyin ibodatxonaning mas'ullari ularni chaqirtib: "Qarindoshlar, agar jamoatni rag'batlantiradigan gap so'zinglar bo'lsa, aytinglar", dedi. Pavlus o'rnidan turib, qo'lini ko'tarib, xaloyiqni tinchitib, mundoq dedi: "Ey Isroillar va Yahudi emas taqvodorlar, quloq solinglar. Isroillar azaldan beri e'tiqod qilib kelgan Xudo ajdodlarimizni tanladi. Ular Misrda yashagan mezgilda Xudo ularni ulug' bir millat qildi. Xudo kuch-qudratini ko'rsatib, qulluq ahvolga tushib qolgan ularni Misrdan qutqizib chiqdi va cho'lda ularga taxminan 40 yil g'amxo'rlik qildi. U Qanon zeminidagi 7 millatni yo'qotib, ularning zeminlarini Isroil xalqiga zeminlik qildi. Bu ishlarga ilgari oxir bo'lib 450 yil ketdi. Keyin Xudo Samuel payg'ambarning zamonigacha ularga botir yetakchilarni tiklab berdi. Keyin ular Samuel payg'ambardan bir podsho tayinlashni talab qilgan edi. Shunga Xudo ularga Benyamin qabilasidan Qish ismli odamning o'g'li Saulni tanlab berdi. Saul 40 yil podshohlik qildi. Biroq Xudo Saulni taxtidan tushirib, Davudni podshoh qilib berdi. Xudo podsho Davud haqida mundoq degan edi: "Ishoyning o'g'li Davud meni bak xush qildi. U men nima desam, shuni qiladi." Xudo burun va'da berganidek Davud podshoning avlodlaridan Isroillarga bir qutqizg'ichi tayinladi. U Hazrati Aysoning o'zidir. Hazrati Ayso o'zining vazifasini boshlashdan burun Yahyo payg'ambar chiqib, Isroil xalqini gunohlarga to'g'ri qilib, cho'mildirishni qabul qilishga da'vat qildi. Yahyo payg'ambar vazifasini tamomlash oldida xaloyiqqa bundoq degan edi: "Sizlar meni kim deysizlar? Meni Xudo avatadigan qutqizuvchi demisizlar? Yo'q, men sizlar kutgan odam emasman. U mendan keyin keladi. Men hatto uning oyog'ining yiplarini yeyishga loyiq emasman." Hey İbrahimning avlodlari bo'lgan qarindoshlar va Yahudi dinini yoqlaydigan Yahudi emaslar, quloq solinglar. Xudo hammamizni qutqizsin deb bu xush xabarni yetkazdi. Yerusalim xalqi va ularning boshliqlari har dam ilish kuni ibodatxonada payg'ambarlarning Hazrati Ayso to'g'risidagi so'zlarining o'qilishini anglashimi tushunmaydi. Hazrati Aysoning qutqizuvchi ekanligini to'nib yetgan edi. Ularning Hazrati Aysoni o'lim jazosiga loyiq deyishi bilan payg'ambarlarning oldin aytganlari amalga oshdi.
Ular Hazreti Aysoni o'lim jazosiga hukm qilishga biror gunoh topamagan bo'lsa-mu, Vali Pilatusdan yanila uningga o'lim jazosi berishni talab qildi. Pilatus qo'shildi. Ular bu ishlarni payg'ambarlarning qutqizguchi haqida oldin e'tiqodlarini bilmasdan qildi. Hazreti Ayso o'lgandan keyin uning jasadi kirishdan tushirilib, dafn qilindi. Lekin Xudo Hazreti Aysoni o'limdan tirildi. Tirilgandan keyin Hazreti Ayso burun o'zi bilan billa Jaliya o'lkasidan Yerusalimgacha egishib kelganlarga ko'p qitim ko'rindi. Hozir bu kishilar İsrail xalqiga Hazreti Aysoning guvohchisi bo'lyapti. Bizmi hozir bu xush xabarni sizlarga yetkazib Xudo Hazreti Aysoni tildirish bilan ajdodlarimizga qilgan va'dasini bizning davrimizda amalga oshirdi. Bu haqda podsho Davud Zaburning 2 nazmisida oldin bunda xotirlagan. Sen mening o'g'lim. Bugun sening otang ekanligimni jakarladim. Xudoning Hazreti Aysoni mangu chirmas qilib tirilganligi haqida muqaddas yozmalarda oldin bunda yozilgan. Podsho Davud qilgan va'damda turib, sizlarga muqaddas va muqarrar baxt ato qilaman. Bu haqda Zaburning yana bir yerida texmu oydinlashtirilib, mundaq yozilgan. Xudo, sen sodiq xizmatkoringning tenining chirishiga yo'l qo'ymaysan. Bu yerdagi sodiq xizmatkor degan so'z podsho Davudga qartilgan emas. Chunki podsho Davud o'zining zamonida Xudoning irodasi bo'yicha xizmat qilib, olamdan o'tib, yerga ko'milgan. Uning teni chirib ketgan. Hazreti Ayso bo'lsa Xudo tarafidan tirildirildi. Uning teni faqat chirmidi. Shunga qarindoshlar, shuni bilishinglar kerakki, bizning sizlarga yetkazayotgan gunohdan kechirim qilinish yo'li Hazreti Aysoning qilganlari orqali mumkin bo'ladi. Muso payg'ambarga tushirilgan Tavrat qonuniga bo'ysunishga har qancha tirishsanglarmi, gunohlaringlar kechirim qilinmaydi. Xudo faqat Hazreti Ayso orqali sizlarni haqqoniy odam deb qaraydi. Shunga payg'ambarlar oldin aytgan baloyi ofat beshinglarga kelib qolmasligi uchun ehtiyot qilib, ularning so'zlariga diqqat qilinglar. Quloq selinglar. Ey meni mazaq qilayotganlar, aloq zodlik tushib o'lisizlar. Chunki mening zamoninglarda qilmoqchi bo'lgan ishlarimni ko'rganinglarda kishilar uni sizlarga tushundisimu ishonmaysizlar. Paulus bilan Barnaba ibodatxonadan chiqayotganda jamoat ularni kelarki dam olish kuni bu ishlar haqida yana ta'lim berishga taklif qildi. Jamoat tarqalganda nurg'un yahudiylar va ularning dinini yoqlaydigan yahudi emaslarmi Paulus bilan Barnabaga agashdi. Bu ikkisi ularga so'z qilib, Xudoning mehr shafqatida yashashni davomlashtiringlar deb rag'batlantirdi. Keyingi dam olish kuni butun shahar xalqi degudek Rabbimiz Ayso haqidagi so'zlarni anglag'ili kelishdi. Biroq buncha ko'p odamlarni ko'rgan bir qism yahudiylar hasad qilishga boshladi. Ular Paulusning so'zini rad qildi va uni haqoratladi. Lekin Paulus bilan Barnaba texmi yurakli holda mundaq dedi: Biz Xudoning so'zlarini oldi bilan Yahudi qarindoshlarimizga yetkazishimiz kerak edi. Lekin sizlar Yahudiylar uni qabul qilmadinglar. O'zinglarni mangulik hayotga erishishga loyiq ko'midinglar. Shunga biz sizlardan ayrildigan bo'ldik. Endi biz xush xabarni Yahudi emaslarga yetkazamiz. Chunki muqaddas yozmada Xudo bizga mundaq buyurgan: Yer yuzining bu chetidan u chetigacha barliq insonlarning qutqizilishi uchun seni Yahudi emaslarga nur qilib avatdim. Yahudi emaslar bu so'zni anglab xushal bo'lishdi va Hazreti Ayso haqidagi bu ta'limlar uchun Xudoga matiya o'qishdi. Xudo tarafidan
Мәңгілік hayatni qabul qilishga talolganlarning hammasi Hazreti Aysoga e'tiqod qildi. Shundoq qilib, Rabbimiz Ayso haqidagi xush xabar butun zaminga keng tarqaldi. Biroq Yahudilar shahar boshliqlarini va obro'yli dindor ayollarni Pavlus bilan Barnabaga qarshi turishga quturatdi. Ular u ikkisiga ziyonkashlik qilg'izib, ularni o'z yerlaridan qo'g'lab chiqadi. Shunga Pavlus bilan Barnaba ilki Yahudilarni ayblash uchun oyoqlaridagi to'pni qeqib etib, Konya shahriga ketib qoldi. Antakiyadagi itqochlar bo'lsa, xushalliqqa hamda muqaddas ruhning kuch-qudratiga cho'mdi. 14-bob. Pavlus bilan Barnaba Konya shahridimi odati bo'yicha Yahudilarning ibodatxonasiga kirdi. Ular jamoatga shundoq so'zildiki, natijada nurg'un Yahudilar va Yahudi emaslarmi Hazreti Ayso haqidagi xush xabarga ishondi. Biroq ishonmagan Yahudilar boshqa Yahudi emaslarning ideyasini zaharlab, ularni e'tiqodchilarga qarshi turishga quturatdi. Pavlus bilan Barnaba u yerda xeyli uzun turib, Rabbimiz Aysoning mehr shafqati to'g'risidagi xush xabarni yuraklik holda yetkizdi. Rabbimiz Aysomu ularga mo'jiza va karomatlarni ko'rsatish iqtidorini berib, ular yetkizgan xush xabarning rost ekanligini isbotladi. Buning bilan shahar xalqi ikkiga bo'linib ketdi. Ba'zilari Hazreti Aysoga ishonmaydigan Yahudilar tarafda, ba'zilari bo'lsa elchilar taraf tutdi. Oxirda Hazreti Aysoga ishonmaydigan Yahudilar bilan Yahudi emaslar o'z boshliqlari bilan birlikda elchilarni qiynab, chalma-kesak qilib o'ltirmoqchi bo'ldi. Bu ishdan xabar topgan Pavlus bilan Barnaba bu shahardan qochib, Likavoniya rayonidagi Listra va Derbe shaharlari hamda atrofdagi joylarga berib, xush xabarni davomli taqdim. Shu chog'da Listra shahrida bir tug'ma polash bor edi. Bu odam Pavlusning so'zlariga quloq solib o'tiradi. Uni diqqat bilan kuzatgan Pavlus uning Hazreti Aysoga ishonganligini va saqaytilib ketishga ishonchi borligini sezib, yuqori ovoz bilan "O'rningdan tur" dedi. Elqi odam shu an dast turib mengishga boshladi. Pavlusning bu karomatini ko'rgan ko'pchilik Likavoniya tili bilan "Xudolar inson qiyofatida oramizga ketdi" deb vaqirishib ketdi. Ular Barnabani ilo Zeus deb atashdi. Pavlus ko'proq so'zlaganligi uchun uni iloh Hermes deb atashdi. Shaharning sirtida Zeus ilohning butxonasi bor edi. Shu butxonada ishlaydigan ruhoniy xalq bilan birga elchiga atab qurbonlik qilmoqchi bo'lib, shahar darvozasiga o'kiz va gul chambraklarini elib keldi. Barnaba bilan Pavlus ularning qilmoqchi bo'lgan ishini anglab, yirgangan holda norozilik bildirish uchun ko'nglaklarini yirtib, ko'pchilikning orasiga yugurib kirib, vaqirab bundoq dedi: "Undoq qilmanglar, bizmi odam, sizlarga o'xshash inson. Biz sizlarga xush xabar yetkazishga keldik. Xush xabar shuki, arzimas narsaga cho'qinmay, mangu hayot bo'lgan birdan bir Xudoga ibodat qilinglar. U osmon, zamin, dengiz, okean va uningki barliq maxluqlarni yaratgan Xudodir. Burungi zamonlarda Xudo har qaysi Allahning odamlarini o'zlari tanlagan yo'lda mengishga qo'yib bergan. Shundaqdimi? U o'zining mavjudligini hamisha isbotlab kelgan. U hamisha hammamizga shafaat qilib, yomg'irni o'z vaqtida yog'dirib, mo'l hosil beg'ishlab, rizqimizni berib, qalbimizni xushallikka cho'mdirdi. Shundaq emasmi? Ular bu so'zlarni qilgan bo'lsa-mu, xaloyiqning ularga atab qurbonlik qilishini to'sib qila olmag'ili tasliq qoldi. Lekin Antakiya va Konya shaharlaridan kelgan ba'zi Yahudilar kishilarni quturatdi. Natijada xalq Pavlusni chalma-kesak qildi. Ular Pavlusni o'ldi deb o'ylab, shahar sirtiga so'rab opirib tashlavetdi. Lekin e'tiqodchilar uning atrofiga to'planganda Pavlus o'rnidan turib, shaharga qaytib kirdi. Etsi u Barnaba bilan birga Derbe shahriga ketdi.
Pavlus bilan Barnaba Derbe shahrida xushxabar yetkazib, nurg'un odamlarni Hazrati Aysoga e'tiqod qilishga yetakladi. Keyin ikkilan Listra, Konya va Antakiya shaharlariga qaytib bordi. Ular u yerlarda e'tiqodchilarning e'tiqodini kuchaytirib, ularni Rabbimiz Aysoga davomli sodiq bo'lishga rag'batlantirdi. Ular e'tiqodchilarga mundaq dedi: Biz Xudoning podshohligiga kirish uchun cho'qim nurg'un jafolarni beshimizdan o'tkazishimizga to'g'ri keladi. Pavlus bilan Barnaba yana har qaysi e'tiqodchilar jamoatchiligiga yetakchilarni belgilab, duo qilish va ro'za tutish orqali ularni o'zlari e'tiqod qilgan Rabbimiz Aysoga topshirdi. Ikkilan Pisidiya rayonidan o'tib, Pamfiliya o'lkasiga keldi. Ular Perga shahrida Xudoning so'zini yetkazgandan keyin dengiz bo'yidagi Antaliya shahriga bordi. Ondan u yerdan kemaga o'tirib, Suriyadagi Antakiyaga qaytdi. Ular o'zlari tamomlagan bu vazifani ado qilishdan burun Antakiyadagi e'tiqodchilarning duosini olgan bo'lib, e'tiqodchilar ularni Xudoga topshirib, shu chat zeminlarga xushxabar yetkazishga avatgan edi. Ular Antakiyaga qaytib kelib, e'tiqodchilarni bir yerga jam qilib, ularga Xudoning o'zlari orqali qanday ishlarni qildiganligini va Xudoning Yahudi emaslarga qanday yo'l ichib, ularni e'tiqodi orqali qutqizganligini so'zlab berdi. Ular u yerda e'tiqodchilar bilan birga uzun mazgil turdi. 15-bob. Hazrati Aysoga e'tiqod qilgan ba'zi Yahudilar Yahudiya o'lkasidan kelib, Antakiyadagi Yahudi emas e'tiqodchilarga: "Sizlar Musa payg'ambar orqali tushirilgan Tavrotdagi xatni qilinish haqidagi belgilimni qabul qilmasanglar, qutqizilmaysizlar" deb ta'lim berishga boshladi. Bu masala to'g'risida Pavlus bilan Barnaba ikkilan ular bilan kaskin munozara va talash-tortish qilishdi. Shunga Antakiyadagi e'tiqodchilar Pavlus bilan Barnabaga bir necha odam qo'shib, bu masalani hal qilish uchun Yerusalimga berib, boshqa elchilar va e'tiqodchilar jamoatchiligining yetakchilari bilan ko'rishinglar deb qaror qildi. Shunda qilib, Antakiyadagi e'tiqodchilar Pavluslarni yo'lga soldi. Ular safarda Fenikiya rayoni va Samariya o'lkasini besib o'tib, Bog'anli yerida Yahudi emaslarning yomon yo'llaridan yenib, Hazrati Aysoga yuzlanganlik vaqasini so'zildi. Bu xabarni anglagan butun e'tiqodchilar nihoyat xursand bo'lishdi. Pavluslar Yerusalimga kelganida elchilar, yetakchilar va boshqa e'tiqodchilarning qarshi ilishiga muyassar bo'ldi. Ular ko'pchilikka Xudoning o'zlari orqali qilgan ishlarini yetkazdi. Lekin Farisi diniy iqimtikilardan Hazrati Aysoga e'tiqod qilgan ba'zilar o'rnidan turishib, Hazrati Aysoga e'tiqod qilgan Yahudi emaslarmi xatni qilinmasa bo'lmaydi. Bundan boshqa Tavrotdagi barliq tuzumga amal qilish kerak dedi. Shunga elchilar bilan yetakchilar bu masalani muzokara qilish uchun jam bo'lishdi. Uzun suhbatlashishdan keyin Petrus o'rnidan turib mundaq dedi: "Qarindoshlar, Xudoning meni bir necha yil burun sizlarning ichinglardan Yahudi emaslarga xushxabar yetkazib, ularni Hazrati Aysoga e'tiqod qildirishga tanlaganligidan xabaringlar bor. İnsanlarning qalbini bildigan Xudo o'zining ruhini bizga ato qilganidek, Yahudi emaslarga ato qildi. Buning bilan Xudo Yahudi emaslarni qabul qilganligini bildirdi. Xudo ularni biz bilan teng ko'rdi. Ularning Hazrati Aysoga bo'lgan e'tiqodi orqali Xudo ularning qalblarini pok qildi. Ahvol mana shunday ekan, endi sizlar nima uchun Yahudi emaslarning bo'yinlariga shuncha og'ir yukni ortmoqchi bo'lasizlar? Uni o'zimiz va ajdodlarimizmi ko'tarilmagan tusa, undaq qilsanglar, Xudoning yo'lini singan bo'lmamsizlar? Yo'q, undaq qilmanglar. Biz Yahudilar Rabbimiz Aysoning mehr shafqatiga toyinib, e'tiqodimiz orqali qutqizilgandek, ularmi shundoq qutqizildi. Petrus gapni oyoqlashtirgandan keyin uyda jimjitlik hukm surdi. Ondan Barnaba bilan Pavlus chiqib, Xudoning o'zlari orqali Yahudi emaslarning orasida ko'rsatgan barliq mo'jiza va karomatlarini bayon qildi. Ular so'zlab bo'lgandan keyin Yaqub
mundaq dedi. Qarindoshlar, quloq selinglar. Bayatın Petrus, Xudoning Yahudi emasligiga ko'ngil bo'ldiganligini, Yahudi emaslarning orasidanmi odam tanlab, o'zining xalqi qilganligini tushuntirib o'tdi. Payg'ambarlarning aytganlarimi buningga butunlay uyg'un keladi. Muqaddas yozmalarda Xudoning Amos payg'ambarga aytgan mo'nin so'zlari yozilgan. Keyin men qaytib kelib, podsho Davudning vayron bo'lgan podsholigini qaytadan qurib chiqaman. Uni xarobliqdan qaytib bino qilib, asliga keltiraman. Shundoq qilib, boshqa har qanday odam, jumladan men o'z xalqim bo'lishga chaqirgan Yahudi emaslarmi meni topidi. Men sizlarning parvardigoringlar. Xuddi burunli va'da qilganimdek, bu ishlarni amalga oshiraman. Yoqub so'zini xuloslab mundaq dedi. Shuning uchun meningcha Xudoga itoat qilgan Yahudi emaslarga o'rinsiz talab qo'ymasligimiz kerak. Faqat ularga, putlarga atab nazik qilingan go'shtlarni yemanglar, jinsi axloqsizlik qilmanglar, qonni va bo'g'ib o'ltirgan hayvonning go'shtlarini yemanglar deb topilab bir parcha xat yozayli. Chunki Yahudiylar Musa payg'ambar orqali tushirilgan Tavrat qonunidagi bu ta'limlarni uzundan beri har dam ilish kuni har qaysi shahardagi ibodatxonalarda yig'ilib, o'rganib kelgan. Shunda qilib, elchilar, yetakchilar va Yerusalimdagi boshqa butun e'tiqodchilar o'zlarining orasidan bir necha odamni tanlab, ularni Pavlus va Barnaba bilan birga Antakiyaga avatishni qaror qildi. Yahuda Barsaba debmi atildi. Bilan Silas buningga tanlandi. Bu ikkilan burundan e'tiqodchilarning hurmatiga sazovar bo'lib kelgan edi. Xatda mundaq yozilgan. Hurmatli Antakiya, Suriya va Kilikiya o'ltirdiki barliq Yahudi emas e'tiqodchilar. Yerusalimdagi qarindoshlaringlardan, ya'ni biz elchilar bilan yetakchilardan sizlarga salom. Bizdan yininglarga borgan ba'zi kishilarning so'zlarining sizlarni bearam va parakani qilib qo'yganligini angladik. Lekin biz ularga undaq so'zlarni qilishni topshirmagan edik. Shu sababdan biz bu ishni muzokara qilgandan keyin oramizdan bir necha kishini tanlab, ularni qadrdon do'stlarimiz Barnaba va Pavlus bilan birga yininglarga avatishni qaror qildik. Bu ikkilan hayotining xatarga uchrashiga qaramay, Rabbimiz Ayso Masihning xizmatida bo'lgan kishilardir. Shunga biz Yahuda bilan Silasnimi xetimizdagi qarorimizni sizlarga o'z og'zi bilan so'zlab bersin deb yininglarga avatishni qaror qildik. Maqsadga kelsak, biz muqaddas ruhning yordami bilan zarur bo'lgan 2-3 belgilimdan sirt sizlarga har qanday bir eg'ir yuk yuklamaslikni qaror qildik. Zarur bo'lgan belgilimilar tövendikçe. Butlarga atab nazir qilgan go'shtlarni yemanglar. Qonni va bo'g'ib o'ltirilgan hayvonning go'shtlarini yemanglar. Jinsi axloqsizlik qilmanglar. Sizlar mushu bir necha ishdan xoli bo'lsanglar, yaxshi qilgan bo'lasizlar. Sizlarga omonlik tilaymiz. Vakillar yo'lga chiqib, Barnaba va Pavlus bilan birga Antakiyaga bordi. U yerda bütün e'tiqodchilarni yig'ib, xatni ularga topshirdi. Ular xatdagi madad bergan so'zlarni o'qib, intayin xursand bo'lishdi. Yahuda va Silaslar payg'ambar bo'lib, e'tiqodchilarga nurg'un so'zlarni qilib, ularni rag'batlantirib, e'tiqodini kuchaytirdi. Yerusalimdan kelganlar u yerda ozroq vaqt turib, Yerusalimdagi o'zlarini avatgan e'tiqodchilarning qishig'iga qaytdi. Antakiyadagi e'tiqodchilar ularni uzitib, sapriga omonlik tiladi. Lekin Pavlus va Barnaba Antakiyada yana bir mezgil turib, boshqa nurg'un kishilar bilan birga Rabbimiz Ayso to'g'risidagi ta'limni yetkazib turdi. Oradan oz vaqt o'tgandan keyin Pavlus Barnabaga biz burun Rabbimizning xush xabarini yetkazgan hamma shahar yezlarga berib, e'tiqodchilarning ahvolini ko'rib kelayli, dedi. Barnaba ma'qul ko'rib, Yuhanna Markusni birga elib, bormoqchi bo'lgan edi. Biroq Pavlus buni dono fikr emas deb qaradi. Chunki Markus
oldi ketim ular bilan birga ishlashni davomlashtirmay, Pamfiliya o'lkasida ulardan ayrilib ketgan edi. Pavlus bilan Barnaba bu ish yuzasidan qattiq talash-tortish qilishib, oxir bir-biridan ayrilib ketishdi. Barnaba Markusni elib, kemiga o'tirib, Siprus orlig'iga ketdi. Pavlus bo'lsa, Silasni tanlab, e'tiqodchilarning o'zi bilan Silasni Xudoga omonat qilishi bilan ulardan ayrilib, yo'lga chiqdi. Pavluslar Suriya va Kilikiya o'lkalarini oralab, har qaysi joylarda e'tiqodchilar jamoatchiligidagi kishilarning e'tiqodini kuchaytirdi. 16-bob. Pavluslar Derbe va Listra shaharlariga kirib o'tdi. Listrada Timotey ismli bir e'tiqodchi bor edi. Uning onasi Aysa Masihga e'tiqod qilgan Yahudi ayol edi. Otasi bo'lsa Grek edi. Listra va Konya shaharlaridagi e'tiqodchilarning hammasi Timoteyni maqtashatdi. Shunga Pavlus uni o'zi bilan birga elib mangmoqchi bo'ldi. Biroq bu yerdagi Yahudilarning hammasi Timoteyning otasining Grek ekanligini bilgachga, Pavlus Yahudilarning uni qabul qilmasligining oldini olish uchun uni xatni qildi. Ular shahar yezlardan o'tgach, Yerusalimdagi elchilar bilan yetakchilar belgilagan Yahudi emaslarga munosabatlik rioya qilishga tegishli bo'lgan qarorlarni e'tiqodchilarga yetkazdi. Shunda qilib, har qaysi jamoatchiliklarning e'tiqodi kuchaytirilib, e'tiqodchilarning soni kundan kunga ko'paydi. Pavluslar Frigiya va Galatiya rayonlariga kirib o'tib ketdi. Chunki bu vaqtda muqaddas ruh ularning Osiyo o'lkasida xushxabar tarqatishiga yo'l qo'ymagan edi. Ular Misiya rayoniga kelgandan keyin Bitiniya o'lkasiga kirmoqchi bo'ldi. Biroq Hazrati Aysoning ruhi ularning kirishiga yana bir qitim yo'l qo'ymadi. Shuning bilan ular Misiyadan o'tib, dengiz bo'yidagi Troas shahriga bordi. Shu kuni kechda Pavlusga bir g'oyibona alomat ko'rinib, Makedoniyalik bir kishi uning oldida o'rtirib, dengizdan o'tib, Makedoniya o'lkasiga kelib, bizga yordam bersingiz, deb talab qildi. Pavlus bu alomatni ko'rgandan keyin biz darhol Makedoniyaga berishga tayyorlandik. Chunki Xudoning bizni u kishilarning qishig'i berib, xushxabar yetkazishga chaqirganligini tushungan edik. Biz kemiga o'ltirib, Troasdan yo'lga chiqib, Semadirak orlig'iga qarab yo'l elib, atsi Makedoniyadagi Neapolis shahriga bordik. U yerdan ishkirlab, Makedoniyaning shu rayonidagi Filipi degan muhim shaharga o'tdik. Bu Rimliklar o'rnashib olgan va ular boshqarayotgan shahar edi. Biz bu yerda bir necha kun turdik. Dam olish kuni shahar sirtidagi daryo sohiliga bordik. Xuddi o'ylaganimizdek, u yerda Yahudilar duo tilovat qiladigan bir joyni topdik. Biz o'ltirib, u yerga to'plangan ayollar bilan suhbatlashdik. Anglag'uvchilar ichida Tiyatira shahridan kelgan Lidiya ismli bir ayol bor edi. So'zdan ranglik raqs otadigan Lidiya, garchi Yahudi bo'lmasa-mu, Xudoga ibodat qiladi. Xudoning uning qalbini yoritishi bilan u Pavlusning ta'limini qabul qildi. U oilasidagilar bilan cho'mildirilgandan keyin bizni uyiga taklif qilib, agar sizlar meni Rabbimiz Aysoga e'tiqod qildi deb qarsanglar, mening uyimga berib turib ketinglar, deb ching turib oldi. Shuning bilan biz uningga ma'qul bo'lib, uyiga bordik. Bir kuni biz Yahudilar duo qildigan joyga yana bir qitim borganda, oldimizga bir dedak chiqdi. Bu qizga jin chopishib olgan bo'lib, bu ruh uni boshqalarning kelgusidagi ishlariga pal soldigan qilib qo'ygan edi. U xo'jayinlarga pal selish orqali nurg'un pul tepib bergan edi. U yo'l bo'yi Pavlus va bizga agishib, bu kishilar ulug' Xudoning xizmatkorlari, ular sizlarga qutqizish yo'lini yetkazdi, deb vaqirab mangdi. U xeli ko'p kun uda shundoq vaqirgan edi. Bundan intayin bizar bo'lgan Pavlus qizga jin chopishib olganligini bilib, uningga burilib, ilqi jinga Ayso Masihning nomi bilan buyurmanki,
uning tenidan chiq, deyishigla, jin shu an chiqib ketdi. Gedek pal salolmaydigan bo'lib qolgandan keyin, xo'jayinlari pul tepish xiyollarining yo'q chiqqanligini bilishib, Pavlus bilan Silasni tortib chiqib, ularni shahar maydoniga boshliqlarning oldiga elib bordi. Ular Pavlus bilan Silasni Rim amaldorlarining oldiga chiqarib, bu Yahudiylar shahrimizni qalamqonlashtirib etdi. Ular qonunimizga xilof qoida tuzumlarni taqtivatidi. Biz Rimlik bo'lgandan keyin ularning taqatqonlarini qabul qilsak va ijro qilsak bo'lmaydi, deb shikoyat qildi. Ko'pchilikmi ularga qo'shilib hujumga o'tgan edi. Amaldorlar Pavlus bilan Silasning kiyimlarini yirtib, yalang'ochlab, kaltak bilan urishga amr tushirdi. Ular qattiq urilgandan keyin zindonga tashlandi. Gundupayga qattiq ko'z tutish buyurildi. Bu buyruq bilan Gundupay ularni zindanning ichkiridagi kameraga solab, putlarga ishkal soldi. Tun yerimga yaqin Pavlus bilan Silas duo qilib, Xudoga madhiya naqshlarini aytib boshqa mahbuslar bo'lsa, quloq selib, anglayotdi. Tuyuqsiz qattiq yer tavrab, zindanning ullarimi silkinib ketdi. Zindanning butun ishlari echilib, mahbuslardagi kishanlarmi tushib ketdi. Uyqudan uyg'onib, zindanning ishlarining ochiq turganligini ko'rgan Gundupay, hamma mahbuslar qochib ketsa, amaldorlar cho'qim meni o'ldirdi deb, qilichini sug'urib elib, o'zini o'ldirmoqchi bo'ldi. Lekin Pavlus, "Jiningga zomin bo'lma, hammamiz bor", deb qattiq vaqirdi. Gundupay chiroq akeldirib, Pavlus bilan Silasning oldiga yugurib kirib, titirgan holda ularning oyog'iga yiqildi. Keyin ularni tashqa elib chiqib, qutqizilish uchun qanday qilishim kerak, deb so'radi. Rabbimiz Aysoga e'tiqod qilishing kerak. Shunday qilsang, o'zing ham oilaliklarmi qutqiziladi, dedi ular. Shuning bilan ishkilan uningga va uning oilasiga Rabbimiz Ayso haqida tushuncha berdi. Shu vaqtning o'zida Gundupay ularni boshlab chiqib, yorilarni yuyib, tozaladi. U darhol oilasidagilar bilan cho'mildirishni qabul qildi. U Pavlus bilan Silasni o'z uyiga boshlab kelib, oldiga dasturxon soldi. Ular Xudoga e'tiqod qilganlikdan oila bo'yicha xushallikqa cho'mgan edi. Atsi atganda Rim amaldorlari zindonga yasovullarni avatib, u ishkilarni qo'yib etinglar, deb buyurdi. Gundupay Pavlusga, amaldorlar Silas ishkilarni qo'yib etishni amr berdi. Sizlar endi zindondan chiqsanglar bo'ladi. Tinch amon qaytinglar, dedi. Biroq Pavlus yasovullarga, biz Rim fuqarolari bo'lsaqmi, amaldorlar bizni so'roq qilmaylar, xaloyiqning oldida qonunsiz holda kaltak bilan urib, zindonga tashildi. Endi ular bizni o'g'irlikchi qo'g'lamoqchimi? Bunda qilsa bo'lmaydi. Bizni Rim amaldorlari o'zi kelib elib ketsin, dedi. Yasovullar bu so'zlarni Rim amaldorlariga yetkazdi. Ular Pavlus bilan Silasning Rim fuqarosi ekanligini anglab, qo'rqib ketdi va zindonga berib, ulardan kechirim so'radi. Ularni zindonga elib chiqqandan keyin shahardan chiqib ketishni talab qildi. Zindondan chiqqan Pavlus bilan Silas Liliyaning uyiga berib, u yerda qarindoshlari bilan ko'rishib, ularni rag'batlantirib, shahardan chiqib ketdi. 17-bob. Pavlus bilan uning hamrohlari safarini davomlashtirib, Amfipolis va Apolloniya shaharlaridan o'tib, Salonika shahriga keldi. U yerda Yahudiylarning ibodatxonasi bor edi. Pavlus odati bo'yicha ibodatxonaga kirib, u da 3 dam olish kuni u yerda jam bo'lgan kishilar bilan muqaddas yozmalarni asos qilgan holda munozirlashib, ularga qutqizuvchi Masihning Xudoning irodasi bilan o'ldirilib, ondan o'limdan tirilganligini aniq tushuntirib berdi. Men sizlarga jakarlagan Hazreti Ayso dal qutqizuvchi Masihning o'zi, dedi u. Yahudiylarning ichidan ba'zilar qoyil bo'lib, Pavlus bilan Silasga agishib, Hazreti Aysoga e'tiqod qildi. Yahudi dinini yoqlaydigan
nurg'un grek va yuqori tabaqadagi grek ayollarmi Hazreti Aysoga ishondi. Biroq Yahudilar buningga hasadxo'rlik qildi. Ular ko'chada bekor yuradigan oqnonchilarni to'plab, shaharda to'polon ko'tardi. Yahudilar Pavlus bilan Silasni tutib, to'planchilarga topshirib berish maqsadida Yosin ismli bir e'tiqodchining uyiga bostirib kirdi. Lekin ular Pavlus bilan Silasni topolmay, Yosin va boshqa bir necha e'tiqodchilarni yerlik amaldorlarning oldiga tortib opirib, hamma joylarda olamni ostin-usti qilmoqchi bo'lgan helqi odamlar shaharigimizga yetib keldi. Yosin ularni uyiga qabul qildi. Ular Ayso ismli boshqa bir podsho bor deb Rim imperatorining farmoniga xiloflik qilyotdi deb chuqon silib yolg'on shikoyat qildi. Bu so'zlar yerlik amaldorlar bilan xaloyiqni dakki-dukiga silib qo'ydi. Yerlik amaldorlar Yosin va bili tutib kelingan e'tiqodchilardan kapolat puli olgandan keyinla ondan ularni qo'yibdi. E'tiqodchilar Pavlus bilan Silasning shu kuni kech kirish bilanla Beriya shahriga avitvatdi. Ular u yerga berib, Yahudilarning ibodatxonasiga kirdi. Bu yerning odamlari Salonikadagilarga qaraganda qolsi ichilgan bo'lib, ular Pavlus bilan Silasning Hazreti Ayso haqida bergan ta'limini qiziqib angladi va ularning e'tiqodlarining to'g'ri xatoligini bilish uchun har kuni muqaddas yozmalarni izlanib o'rgandi. Natijada nurg'un Yahudilar buningdan boshqa xeyli ko'p grek erlar va yuqori tabaqadagi grek ayollarmi Hazreti Aysoga e'tiqod qildi. Lekin Salonikadagi Yahudilar Pavlusning Beriyada Hazreti Ayso haqidagi xush xabarni yetkazganligini anglab, u yerga berib, Pavlusga ziyonkashlik qilish maqsadida to'polon ko'tarib, ommani quturatdi. Shunga e'tiqodchilar Pavlusni darhol dengiz bo'yidagi joylarga avatvatdi. Silas bilan Timotey bo'lsa Beriyada qoldi. Pavlusga hamroh bo'lib manganlar uni Afina shahrigacha elib berib, ondan Beriyaga qaytib keldi. Ular Pavlusning Silas bilan Timotey mumkin qadar mening yenimga tezroq kelsin degan so'zni elib keldi. Pavlus Afina shahrida Silas bilan Timoteyni kutib turganda, shaharning hamma yerini but qoplab ketganligini ko'rib, intayin beorom bo'ldi. Shunga u Yahudilarning ibodatxonasida Yahudilar va ularning dinini yoqlaydigan Yahudi emaslar bilan suhbatlashdi. Har kuni bozorda uchirganlik kishilar bilan bu to'g'riliq munoziralashdi. Epikurlar va stoiklar deb tonilgan ba'zi faylasuflarmi uning bilan munoziralashishga boshladi. Ba'zilar bu jahonkazdi pochi nima deb jo'lyotdi deyishdi. Yana ba'zilar Pavlusning Hazreti Aysoning o'lib tirilganligi haqidagi ta'limlarini anglab, u chet elliklarning xudolarini tashviq qilyotsa kerak deyishdi. Shunga ular Pavlusni Areopagus degan cho'ng kengash maydoniga elib berib, sen taqtiyotgan yangi ta'limotlaringdan biznimi ostoli xabardor qilib qo'ysang qandoq? Ba'zi ishlarni anglab, intayin hayron bo'ldik. Zodi nima demoqchi bo'lganingni bilmoqchimiz deyishdi. Afinliklar va u yerda turayotgan chet elliklarning hammasi ko'p vaqtini yangi o'y fikrlarni anglashga va almashtirishga sarf qilishadi. Shunga Pavlus oldiga chiqib mundoq dedi: "Hey Afina xalqi, sizlarning kuchlik, e'tiqodiy qizg'inlig'inglarning borlig'ini bilaman. Chunki shahar ichida hamma yerni oralab, sizlarning ibodat qiladigan joylaringlarni ko'zdan kechirgunimda qurbonlik suplarining birining ustida ma'lum bo'lmagan Xudoga deb beg'ishlama yozilganligini ko'rdim. Men hozir dal sizlarga ma'lum bo'lmagan, lekin sizlar ibodat qilayotgan mana shu Xudoni sizlarga tanishtiray. Butkul dunyoni va uningdagi barliq mavjudotlarni yaratgan Xudo butun olamning egisidir. U insonlarning qo'li bilan bino qilingan butxonlarda turmaydi. Uning insonlarga hech qanday hojati tushmaydi. Aksicha, insonlarga hayotlik, nafas, shundoqla ular ehtiyojlik bo'lgan har qanday narsani ato qilib, ularning ehtiyojlarini qondirdi. U
bir odamdan butkul millatlarni yaratdi. Ularni butun yer yuziga o'rnlashtirib, ularning gullanishi va savolliq yuzlanishi hamda turadigan joylarini oldin belgilab berdi. U insonlar meni izlab topsin deb shunda qildi. Amaliyotda u bizlardan yiroq emas. Biz u orqali yashaymiz, harakat qilamiz, mavjudmiz. Oranglardagi ba'zi shoirlar yozgandek, biz Xudoning farzandlari. Biz Xudoning farzandlari bo'lg'achqa, uni hunarmandning mahorati bilan o'yib yasalgan oltin, kumush yoki tosh butlarga o'xshatmasligimiz kerak. Burungi zamonlarda Xudo butga ishonganlar hozircha mening yo'llarimni bilmaydi deb ularning harakatlarini ko'masga soldi. Lekin bugungi kunda u butun insonlarni gunohlarga tavba qilib, uning yo'liga qaytishga buyurmoqda. Chunki u o'zi tanlagan odam orqali butun dunyoni odillik bilan so'roq qiladigan qiyomat kunini belgiladi. Xudoning uni o'limdan tirildiganligi bu ishning muqarrar ekanligini isbotladi. Pavlusning o'lganlarning tirilishi haqida aytganlarini anglagan ba'zi kishilar uni masxara qilishga boshladi. Ya'ni ba'zilar bu ishni yana bir anglashni orzu qilamiz dedi. Buning bilan Pavlus kengashma maydonidan qaytib chiqdi. Ba'zilar uningga qo'shilib Hazreti Aysoga e'tiqod qildi. Buning ichida kengashma hayatlaridan Dionisius, Damaris ismli bir ayol va boshqa bir qancha kishi bor edi. 18-bob. Bu ishlardan keyin Pavlus Afina shahridan Korn shahriga bordi. Pavlus u yerda Pontus o'lkasida tug'ilgan Akvila ismli bir Yahudi bilan uning ayoli Priscillani uchratdi. Ular Rimlik Claudius podshoning butun Yahudilarning Rim shahridan chiqib ketish to'g'risidagi buyrug'i sabablik yaqinda Italiyadan kelgan edi. Pavlus ular bilan ko'rishib, ularning yanida qilib ishladi. Chunki burundan chetir yasash bilan turmush kechiradigan Pavlus ular bilan kasbdosh chiqib qoldi. Yahudilarning har bir dam ilish kunida Pavlus ibodatxonaga berib, Yahudilar va Greklar bilan so'zlashib, ularni o'z ta'limining rost ekanligiga qoyil qilishga tirishadi. Silas bilan Timoti Makedoniyadan kelgandan keyin Pavlus barliq vaqtini Xudoning xush xabarini yetkazishga sarf qilib, Yahudilarga Hazreti Aysoning qutqizguchi Masih ekanligiga guvohlik berdi. Lekin ular uningga qarshi chiqdi va uni haqoratladi. Buning bilan Pavlus peshini qeqib, ularga: "Agar sizlar qutqizilmasanglar, men javobgar emas, o'zinglar javobgar. Bugundan boshlab men xush xabarni sizlarga emas, Yahudi emaslarga yetkazaman" dedi. Buning bilan Pavlus ulardan ayrilib, Titius Justus ismli bir kishining uyiga berib turdi. U Yahudi bo'lmasa-mu, Yahudi dinini yoqlaydigan odam bo'lib, uning uyi ibodatxonaning yenda edi. Ibodatxonaning mas'uli Krispus butun oilasidagilar bilan Rabbimiz Aysoga e'tiqod qildi. Yana nurg'un Yahudi emas Korintliklarmi Pavlusning so'zlarini anglab, Hazreti Aysoga e'tiqod qilishga boshladi va cho'mildirishni qabul qildi. Bir kecha Pavlusga bir g'oyibona alomat ko'rindi. Bu alomatda Rabbimiz Ayso uningga: "Qo'rqma, sukut qilmay so'zla. Men sen bilan billa. Sana hech kim ziyonkashlik qilmaydi. Chunki bu shaharda nurg'un kishilarim bor" dedi. Shuning bilan Pavlus u yerda 1,5 yil turib, u yerdagi kishilarga Xudoning so'zlarini yetkazdi. Galiyo Yunon o'lkasining valisi bo'lgan vaqtida Yahudilar birlashib Pavlusni tutib sotga opirib, uning ustidan: "Bu odam kishilarni qonunga xilof holda Xudoga ibodat qilishga quturatdi" deb shikoyat qildi.
Pavlus söz başlay deb turishga, Vali Galiyo ularga: "Ey Yahudiylar, agar sizlarning shikoyatinglar bir nohaqlik yoki biror ig'ir jinoyat to'g'risida bo'lsa-di, albatta, sabrchanlik bilan sizlarga quloq serishimga to'g'ri keladi. Biroq talash tortishinglar diniy qonunlardagi ba'zi ismlar va so'zlar to'g'risida ekan. Uni o'zinglar hal qilinglar. Men bunda kichik ishlarni so'roq qilmayman", dedi. Buning bilan ular sotdan haydab chiqarildi. Xaloyiq Yahudi ibodatxonasining mas'uli Sostenisni tortib chiqib, so'roqxonaning oldida qattiq urdi. Biroq Vali Galiyo bu ishga qilcha pisand qilmadi. Pavlus Korint shahrida e'tiqodchilar bilan yana bir mazgil tudi. Keyin ular bilan qo'shilishib, Priskila va Akvilalar bilan kemaga o'ltirib, Suriya o'lkasiga ketdi. Yo'lga chiqishdan ilgari u dengiz bo'yidagi Kenheriya shahrida chochlarini kestiribdi. Chunki u Xudoga bir qasam qilgan edi. Ular Efes shahriga borgandan keyin Pavlus Priskila va Akvila bilan qo'shlashdi. U ketishdan burun ibodatxonaga berib, Yahudilar bilan Hazreti Ayso haqida suhbatlashdi. Ular uni bir necha kun uzunroq turishga taklif qildi. Lekin Pavlus qo'shilmadi. Pavlus u yerdan ayrilish vaqtida ularga: "Xudo buyursa, sizlarning yininglarga yana kelaman", dedi. Ondan Efesdan kema bilan yo'lga chiqdi. Pavlus Qaysariya shahrida kemadan tushib, Yerusalimga bordi. U yerdagi e'tiqodchilar bilan ko'rishgandan keyin Antakiya shahriga ketdi. U Antakiyada e'tiqodchilar bilan xeyli ko'p vaqt turib, yana yo'lga chiqdi va Galatiya va Frigiya rayonlarini oralab, Bag'alli yerida e'tiqodchilarning e'tiqodini kuchaytdi. Bu arada Iskandariya shahrida tug'ilgan Apollos ismli bir Yahudi Efes shahriga keldi. Uning so'z qobiliyati ustun bo'lib, muqaddas yozmalardan xeyli savati bor edi. Rabbimizning yo'li to'g'riliq ma'lum darajada ta'lim olgan Apollos Rabbimiz Ayso haqida qizg'in so'zlab ta'lim beradi. Uning ta'limi to'g'ri bo'lsa-mu, to'liq emas edi. Chunki u cho'mildirish to'g'riliq Yahyo payg'ambarning suvga cho'mildirishidanla biladi. Apollos ibodatxonada yuraklik so'zlashga boshladi. Anglayotganlardan Priskila bilan Akvila uni uyiga taklif qilib, uningga Xudoning yo'lini texmi to'liq tushuntirdi. Keyin Apollos Yunon o'lkasiga bormoqchi bo'lganda, Efeslik e'tiqodchilar uningga yordamda bo'lib, Yunondagi e'tiqodchilarga xat yozib, ulardan Apollosni kutib olishni so'radi. Apollos Yunonga berib, Xudoning mehr shafqati orqali Hazreti Aysoga e'tiqod qilganlarga cho'ng yordamda bo'ldi. U jamoat oldida Yahudilar bilan munozirlashib, ularga kuchlik raddiya berdi hamda muqaddas yozmalarni asos qilib, Hazreti Aysoning qutquzguchi Masih ekanligini aniqlab berdi. 19-bob. Apollos Korint shahridagi vaqtida Pavlus safar qilib, ichki quruqlik orqali Efes shahriga keldi. U yerda marhum Yahyo payg'ambarning ba'zi shogirdlari bilan uchrashib, ulardan: "Sizlar Xudoning yo'liga minishga boshlaganda, uning muqaddas ro'yi sizlarga ato qilinganmi?" deb so'radi. "Yo'q, biz muqaddas ruh bor deganni zodi anglabotganmiz", deb javob berdi ular. Pavlus yana: "Undaqda sizlar cho'mildirganda, uning ma'nosini nima deb tushundinglar?" deb so'radi. "Bizning tushunchimiz Yahyo payg'ambar bergan ta'limga asos qilingan", deb javob berdi ular. Shu chog'da Yahyo payg'ambar kishilarga cho'mildirishni qabul qilganlarning gunohiga tavba qilib, Xudoga yuzlanish niyatini ifodalash kerakligini ham o'zidan keyin kelguchiga, ya'ni Hazreti Aysoga ishonishi kerakligini topilgan, dedi Pavlus. Ular bu gapni anglagandan keyin Rabbimiz Aysoga e'tiqod qilib, uning nomi bilan cho'mildirishni qabul qildi.
Pavlus qo'lini ularga tekkizib turib, duo qilayotganda, ularning vujudiga muqaddas ruh tushdi. Buning bilan ular o'zligi noma'lum bo'lgan tillarda Xudoga madhiya o'qishdi, ham Xudodan kelgan vahiylarni yetkazishga boshladi. Ular taxminan 12 kishi edi. 3 oy davomida Pavlus Efes shahridagi Yahudilar ibodatxonasiga kirib, ular bilan yuraklik so'zlashib, ularni Xudoning podshohligi to'g'risida ta'limga qoyil qilishga tirishdi. Lekin ba'zilari johillik qilib ishonmay, jamoat oldida Rabbimiz Ayso yo'lga haqorat keltirdi. Shunga Pavlus e'tiqodchilarni elib, ulardan ayrildi va har kuni Tiranus ismli odamning maktabida suhbatlashishni davomlashtirdi. Bu xizmat 2 yil davomlashdi. Natijada Osiyo o'lkasidagi butun xalq, Yahudilar yoki Yahudi emaslar bo'lsin, hammaylan Rabbimiz Ayso haqidagi so'zlardan xabardor bo'ldi. Xudo Pavlus orqali ajoyib mo'jizalarni yaratdi. Ba'zilar hatto qo'l yog'liq va lo'nglarini Pavlusning teniga takkizib, ondan kasallarning yeniga opirib, ularning uchisiga yipib qo'yatdi. Natijada kasallar sog'ayib, jinlar ularning tenidan chiqib ketadi. Shu atrofda oyat o'qib jin qo'g'lashni kasb qilgan ba'zi Yahudilarmi bor edi. Ular Rabbimiz Aysoga e'tiqod qilmagan bo'lsa-mu, uning nomini ishlatib, jinlarni haydayotmoqchi bo'lishadi. Ular jinlarga Pavlus aytgan Aysoning nomidan buyuraymanki, chiqib ketinglar, deydigan bo'ldi. Bu ishni qilganlarning orasida Skeva ismli bir Yahudi oliy ruhoniyning 7 o'g'limi bor edi. Bir kuni ular jin chapshogan bir kishining tenidagi jinni qo'lmoqchi bo'lganda, jin chiqishga unimay ulardan: "Men Aysoni taniyman. Pavlusning kim ekanligini bilaman. Biroq o'zinglarchu, o'zinglar kim bo'lasizlar?" deb so'radi. Shuning bilan jin chapshogan kishi shiddatli hujumga o'tib, jin qo'lg'uvchilarni yer bilan yakson qilibdi. Ular yorilinib, kiyimlari yirtilib, yalang'och holda uydan qochib chiqib ketdi. Efes shahrida yashaydigan butun Yahudilar va Yahudi emaslarmi bu ishni anglab, nihoyat qo'rqishdi. Shuningdan keyin Rabbimiz Aysoning nomi bu yerdimi ko'p hurmatga sazovor bo'ldi. Natijada nurg'un e'tiqodchilar burun qilgan yomonliklarini ochiq e'tirof qilishga boshladi. Sehrgarlik qilgan bir muncha odamlar o'zlarining sehrgarlik to'g'risidagi kitoblarini akilib, bir yerga dövilab, ko'pchilikning oldida ko'ydirishdi. Bu kitoblarning qimmati jami 50 ming kumush tangiga yetadi. Shunda qilib, Rabbimizning ta'limi umumyuzlik tarqilib, zo'r ta'sir paydo qildi. Bu ishlardan keyin Pavlus Makedoniya va Yunon o'lkasi orqali Yerusalimga qaytish qaroriga keldi. U yerga borgandan keyin Rim shahriga berishim kerak, dedi. Buning bilan u yordamchilaridan Timotey bilan Erastikiylarni o'zining berishga tayyorlik qilish uchun Makedoniya o'lkasiga avatib etib, o'zi yana bir mezgil Osiyo o'lkasida qoldi. Dal shu chog'da Efes shahrida Rabbimiz Ayso yo'lga qarshi ig'ir qalaymiqonchilik yuz berdi. Ayol iloh Artemisning sharpiga yasalgan butxonaning kumush haykallarini yasagan Dimitri ismli bir zargar bor edi. Uning hunarvanlari bu hunar bilan ko'p foyda olgan edi. Dimitri hunarvanlari va o'z qismidagi munosabatli ustalarni yig'ib, ularga: "Qarindoshlar, bizning rivoj tepishimizning hunarimizga bog'liq ekanligini bilasizlar. Hozir yelqi Pavlus degan ablahning nima ishlarni qilib yurganligini anglagan ham ko'rgan bo'lishinglar kerak. U qo'l bilan yasab olgan buttiringlar Xudo emas deyishi bilan Efes va butun Osiyo o'lkasidagi nurg'ulg'an kishilarni qaymoqtirib, tuyuq yo'lga boshlavatdi. Bundaq bo'lganda
bizning bu kasbimizning nomiga dog' tushirish xavfi bo'lib qolmay, balki ulug' ayol Xudoyimiz Artemisning butxonasimi qadrlanmay, hatto Osiyo o'lkasi va butun yer yuzidagilar ibodat qilib kelgan ayol Xudoyimizning shon sharifining yo'qolish xavfimi bo'ladi, dedi. Bu so'zlarni anglagan ko'pchilikning g'azabi o'rlab, qayta biz Efesliklarning ayol xudosi Artemis ulug'dir deb chiqqan sezishga boshladi. Buning bilan butun shahar ostin ustin bo'lib ketdi. To'polonchilar Pavlusning safardoshlaridan Makedoniyalik Gaius va Aristarxuslarni tutib elib, oldiga selib, usti ochiq teatrxonaga elib bordi. Pavlus to'polonchilar orasiga kirib so'zlamoqchi bo'lib edi, lekin e'tiqodchilar uni kirishdan to'sidi. Hatto Pavlusning do'stlari bo'lgan ba'zi yuqori darajalik amaldorlarmi Pavlusga odam avatib, uni teatrxonaga berish xavfiga tavakkul qilmaslikqa undidi. Bu chog'da butun teatrxonaning ichi varang-churungga to'lgan bo'lib, biri bir nimada vaqirsa, yana biri bir nimada vaqiratdi. Ko'p sondagi kishilar o'zlarining nimaga yig'ilganligini bilmaydi. Yahudiylar o'zlarining Pavlusning tarafdorlari emasligini ko'rsatish uchun Iskandar ismli odamni o'zlarini oqlash maqsadida oldiga chiqadi. Iskandar ko'pchilikka qo'l ishorat qilib, Yahudiylarni oqlashga boshladi. Biroq ko'pchilik uning Yahudiy ekanligini bilganda, bu ishda uning mas'uliyati bor o'xshaydi deb qoldi. Shunga ko'pchilik tangla, Xudoyimiz Artemis ulug'dir deb 2 soatcha chuqqan silishdi. Oxirda shaharning yerlik amaldori xaloyiqni tinchlantirib mundoq dedi: "Hey Efes xalqi, biz Efesliklarning ulug' Artemis butxonasining va uning osmondan tushgan muqaddas teshning qo'g'disi ekanligini bilmaydigan kishi bormi? Bu ishlarni hech kim yo'qqa chiqarib o'tolmaydi. Shunga sizlar o'zinglarni besib elishinglar. O'ylamay biror ko'ngil ish chiqarib qo'ymasliginglar kerak. Sizlar bu kishilarni bu yerga so'roq qilishga elib keldinglar. Lekin ular yo butxonning biror narsasini o'g'irlab ketgini, yo bizning ayol Xudoyimizga kufrlik qilgani yo'q. Agar Dmitriy va uning kasbdoshlarining har qanday bir kishining ustidan shikoyati bo'lsa, so'roqxonalar ochiq, so'roqchilarmi bor. Shikoyatini shu yerga berib qilsin. Boshqa masalalar bo'lsa-mu, qonuniy so'rovlarga berib, bir taraf qilishinglar lozim. Rimliklar bugungi voqeani to'polon deb bizga jazo berishi ehtimolga nihoyatda yaqin. Bu qalamqochilikning hech sababi bo'lmagan ekan, hisobini berolmaymiz-da. Bu so'zlarni qilgandan keyin u xalqni taqib etdi. 20-bob. To'polon besqandan keyin Pavlus e'tiqodchilarni chaqirib, ularni rag'batlantirdi va ular bilan xo'shlashib Makedoniya o'lkasiga ketdi. U shu atrofdagi joylarni oralab, e'tiqodchilarni rag'batlantiradigan nurg'un so'zlarni qilgandan keyin Yunonga berib, u yerda 3 oy turdi. Pavlus kemaga o'ltirib Suriya o'lkasiga qaytmoqchi bo'lib turganda, Yahudiylarning uni o'ltirish suiqasdi ekanligidan xabar tepib, Makedoniya o'lkasidan o'tib, quruqlik bilan qaytib ketish qaroriga keldi. Uning bilan birga bo'lganlar Beriyalik Pirus o'g'li Sopater, Salonikaliklardan Aristarxus bilan Sekundus, Derbalik Gaius, Timotiy va Osiyo o'lkasidan Tikukus bilan Trofimlar edi. Ular boshda Troas shahriga kema bilan berib, bizning yetib berishimizni kutib turdi. Petrnan heytidan keyin biz Filipi shahridan kemaga o'tirib, 5 kundan keyin Troasga kelib, ular bilan uchrashdik va u yerda bir hafta turdik. Yakshanba kuni biz nonni bo'lishib, Hazrati Aysoni xotirlash uchun bir yerga jam bo'ldik. Pavlus etskatnashi bo'lg'ashqa, ko'pchilikka tun yerimigacha ta'lim berdi. Biz jam bo'lgan yuqori qavatdagi hujrada nurg'un moy chiroqlar yenib turardi. Eftikus ismli bir yigit derazada o'tirgan edi. Pavlusning so'zi davomlashgan siri moy chiroqning isi hujrani qoplab, elqi yigitni mugdab bosdi.
Keyin u qattiq uyquga ketib, 3-qavatdan yerga yiqilib tushdi. Ko'pchilik uni yerdan ko'tarib qarasa, u o'lib bo'ptikan. Pavlus pastga tushib, o'zini uning ustiga etib, quchoqlab turib, "O'tiqmanglar, u tirik", dedi. Keyin ustingi qavatga chiqib, Hazreti Aysoni xotirlash uchun nonni bo'lishib yeb, ibodat qildik. Pavlus tong otguncha so'zni davomlashtirgandan keyin biz bu yerdan yo'lga chiqdik. Troasdagi itqochlar bo'lsa, yilqi yigitni uyiga hayot opirib qo'ydi. Ko'pchilik bu vaqadan cho'nqur tasalli topdi. Pavlus Troas shahridan Asos shahriga piyoda bormoqchi bo'ldi. Shunga u bizning kema bilan oldin yurib, u shaharga uningdan burun yetib berib, u yerda bizning uning bilan uchishimizni o'rinlashtirgan edi. Keyin Asosda uchrashdik va kemaga tushib, Mideli shahriga keldik. Ondan yana yo'lga chiqib, Atsi, Xiyos orolining yeniga keldik. 3-kuni Afasdan o'tib, Samos oroliga keldik va uning Atsi kema bilan Milet shahriga bordik. Asiya o'lkasida ko'p vaqtni o'tkazmaslik uchun Pavlus Afas to'xtamaslikni qaror qilgan edi. U Yahudilarning o'rmiyetini mumkin qadar Yerusalimda o'tkazish uchun aldiraytdi. Pavlus Milet shahridan Afasga odam avatib, itqochlar jamoatchiligi yetakchilarini chaqirdi. Ular kelgandan keyin Pavlus ularga mundoq dedi: "Men Asiya o'lkasiga oyoq bosgan birinchi kundan tortib, sizlar bilan qandoq o'tganligim har biringlarga ma'lum. Yahudilarning suiqasdlari tufaylidan tatgan azoblar ichida ko'zimdan yosh uzilmagan holda kamtarlik bilan Rabbimiz Aysoning xizmatida bo'ldim. Mayli, ommaviy so'rinlarda bo'lsin yoki o'ylaringlarda bo'lsin, sizlarga ta'limlagan vaqtlarimda sizlarga foydali bo'lgan narsalarni aytmay qo'ymadim. Yahudilar va Yahuda emaslarni to'g'ri qilib, Xudoga yuzlanishga va Rabbimiz Aysoga e'tiqod qilishga undadim. Hozir muqaddas ruhning amriga asosan Yerusalimga ketyapman. U yerda qandoq ishlarga duch kelganligimni uqmayman. Faqat shuni bilamanki, muqaddas ruh men bordigan shaharlarda meni zindon va azoblarni kutib turadiganligini oldin aytib kelmoqda. Lekin men o'z musofamni tamomlashim, Rabbimiz Aysoning topshirgan xizmatini muvaffaqiyatli o'rindishim, ya'ni Xudoning mehr shafqati to'g'risidagi xush xabarning guvochisi bo'lishim uchun o'z hayotimni qilchi oyimay Yerusalimga ketyapman. Men sizlar bilan oralashib, har biringlarga Xudoning podsholigi haqida tushuntirdim. Endi menga ma'lumki, buningdan keyin sizlar meni qayta ko'rolmaysizlar. Shuning uchun bugun sizlarga shuni jiddiy aytib qo'yayki, oranglarda har qanday bir kishi qutqizilmasa, men javobgar emasman. Chunki men Xudoning irodasini qilch elib qolmay, sizlarga to'liq yetkizdim. O'zinglarga paxas bo'linglar. Muqaddas ruh sizlarning boshlamchi qilishinglarga topshirgan barliq qirindishinglarga paxas bo'linglar. Podichi qo'ylarini boqqandek, sizlarmu Xudoning jamoatchiligini beqinglar. Chunki Xudo ularni o'z o'g'lining qiniga setib olgan. Menga ayonki, men ketgandan keyin chilbirlar podini qalamqonlashtirganga o'xshash, sizlarning oranglardan ba'zilar e'tiqodlarni o'ziga egashtirish uchun xato ta'lim taqitdi. Shunga hoshyor bo'linglar. Mening 3 yil kech kunduz demay, sizlarga yosh oqqizib, nasihat berganligimni esinglarda tutinglar. Endi men sizlarni Xudoga va uning mehr shafqatli so'zlariga topshirdim. Bu so'zlar orqali Xudo e'tiqodinglarni kuchaytirdi va o'zining muqaddas xalqiga otgan mirosdan sizlarni bahramand qildi. Sizlarga ma'lumki, men hech qachon har qanday kishining kiyimlariga yoki oltin kumushiga
ko'z qirimni solmadim. Men ikki biligimga tayinib, o'zimning va hamrohlarimning hojatidan chiqdim. Har qanday ishda sizlarga mushundoq ajr orqali hojatmanlarga yordam berish lozimligini ko'rsatdim. Shundoq qilsanglar, Rabbimiz Ayso o'zi aytgan, bermak olmoqdanmi zo'r baxt deganini esinglardan chiqarmaysizlar. Pavlus bu so'zlarni qilib bo'lgandan keyin hammaylar bilan birlikda tizilib o'ltirib duo qildi. Ko'pchilik ko'z yoshi qilishib, uning bilan quchoqlashib, so'yishib, xo'shlashdi. Ularni eng mayshlandirgini Pavlusning buningdan keyin meni qayta ko'rolmaysizlar degan so'z bo'ldi. Keyin ular uni kemiga chiqarib, uzitib qo'ydi. 21-bob. Biz ular bilan xo'shlashib, kema bilan uddul qo's orlig'iga qarab yo'l oldik. Atsi Rodos orlig'iga, u yerdan Patariya shahriga bordik. Patariyada Fenikiya rayoniga boradigan bir kemani tepib, uningga o'tirib yo'lga chiqdik. Siprus orlig'i ko'ringandan keyin uning janubidan aylanib o'tib, Suriya o'lkasiga qarab menib, Tir shahrida quruqlikka chiqdik. Chunki kema bu yerda yukini tushiradi. Bu yerdagi itqochlardan ba'zilarini tepib, ularning yanida 7 kun turdik. Muqaddas ruh ularga Pavlusning Yerusalimda tatilgan azoblaridan xabar bergan edi. Shunga ular uningga Yerusalimga borma deb nasihat qildi. Biroq biz u yerda bir hafta turgandan keyin safarimizni davomlashtirdik. Itqochlar va ularning xotin bolalarining hammasi bizni shaharning sirtiga uzatib chiqdi. Hammaylan dengiz bo'yida tizilib o'tirib, billa duo qildik. Xo'shlashgandan keyin biz kemiga chiqdik. Ular o'ylarga qaytishdi. Tir shahridan dengiz safarimizni davomlashtirib, Ptolemay shahriga keldik. U yerdagi itqochlar bilan ko'rishib, ularning yanida bir kun turdik. Atsi bu yerdan ayrilib, kemi bilan Qaysariya shahriga kelib, xushxabar yetkazuvchi Filipning uyiga berib, qo'ndik. U burun Yerusalimdagi itqochlar tarafidan xizmatga tanlangan 7 kishining biri edi. Bu kishining Xudoning vahiylarini yetkazoladigan, texi taloliq bo'lmagan 4 qizi bor edi. Biz u yerda bir necha kun turgandan keyin Yahudiya o'lkasidan Agabus ismli bir payg'ambar keldi. Bu kishi bizning oldimizga kelib, Pavlusning belvig'ini qo'liga ilib, o'zining put qo'lini bog'lab, muqaddas ruh dediki, bu belvog'ning egisi Yerusalimda Yahudilar tarafidan moshundoq bog'lanib, rimliklarning so'roq qilinishiga topshirildi, dedi. Biz bu so'zni anglagandan keyin shu yerlik kishilar bilan birlikda Pavlusni Yerusalimga bormaslikka undadik. Lekin Pavlus, sizlar nimishqa bunchalar qayg'urib, yuragimni ezsizlar. Men Yerusalimda Rabbimiz Ayso uchun tutqun bo'lishqila emas, u yerda o'lishgimi tayyorman, deb javob berdi. Biz uni qoyil qilmay, bo'ldi qildik va Xudoning xalqindak bo'lsin, dedik. U yerda bir necha kun turib, yuk tomog'imizni yig'ishtirib, Yerusalimga bordik. Qaysariyalik itqochlardan bir nechasi biz bilan hamsafar bo'lib, Yerusalimda bizni Minason ismli bir Sipruslikning uyiga boshlab bordi. Bu kishi koni itqochlardan edi. Yerusalimda itqochlar bizni qizg'in qarshi oldi. Atsi biz Pavlus bilan birga Yoqubni ko'rgili bordik. Yoqub bilan itqochlar jamoatchilikdagi boshqa yetakchilarning hammasi u yerga yig'ilgan edi. Pavlus ular bilan amalashgandan keyin Xudoning Yahudi emaslar ichida o'zi orqali qilgan butun ishlarini ularga tafsili ma'lum qildi. Bularni anglagan ko'pchilik Xudoga matiya o'qib, Pavlusga: "Ey qarindosh, Yerusalimda ahvol mundaq. Yahudilar ichida necha minglagan kishi Hazrati Aysoga e'tiqod qiladi. Ularning hammasi
Tavrat qonuniga qattiq amal qiladi. Ularning anglashicha, siz Yahudi emaslarning orasida yashagan bütün Yahudilarga bolalarni xato qildirmasligini, Yahudilarning boshqa an'analariga rioya qilishning hojati yo'qligini o'rgatib, Tavratni cho'rib etibsiz. Shunga bu yerdagi Yahudilar sizning bu yerga kelganligingizni anglasa, sizga cho'qim ziyonkashlik qilmay qolmaydi. Endi qanday qilish kerak? Bizningcha mundaq qilsangiz. Aramizda Xudoni rozi qilish uchun qasam bergan 4 odam bor. Siz ularni ilib, ular bilan birlikda Tavratdagi tozalanish dini qoidasidan o'ting. Ularning qurbonlik chiqimlarini o'zingiz ko'taring. Qurbonlik qilgandan keyin ular qasamlarining ado bo'lganligini ko'rsatish uchun chochlarini tushirdi. Buning bilan xaloyiq siz to'g'riliq anglaganlarning amaliyotga uyg'un emasligini tushunadi. Hamda o'zingizning mu Tavratga rioya qilganligingizni ko'rdi. Yahudi emas e'tiqodchilarga kelsak, ular Yahudilarning an'analariga rioya qilmasimi bo'ladi. Faqatla o'tgangi xetimizda topilganimizdek, butqa atab qurbonlik qilgan yemeklarni yemisin. Qonni va bo'g'ib o'ltirgan hayvonning go'shtini yemisin. Jinsi axloqsizlik qilmasin deyishdi. Buning bilan Pavlus o 4 kishini elib, etsi ular bilan birga tozalanish dini qoidasini o'tkazishga bordi. U markaziy ibodatxonaga kirib, ruhoniylarga o'zlarining poklanish muddatini to'shib, har qaysisi uchun qurbonlik qilingan kunni ma'lum qilib qo'ydi. 7 kunlik muddat to'shqi oz qolganda, Osiyo o'lkasidan kelgan ba'zi Yahudilar Pavlusni markaziy ibodatxonada ko'rib, jamoatni quturtib, uningga qo'l silib, "Ey Isroillar, yordamda bo'linglar. Bu odam hamma yerda xalqimizga, Tavrat qonunimizga va markaziy ibodatxonimizga qarshi so'zlarni taqtibyotdi. Amdilikda u Yahudi emaslarning markaziy ibodatxonimizga boshlab kirib, bu muqaddas joyni bulg'umoqda", deb chuqon ko'tardi. Ularning bundaq deyishining sababi, buningdan burun ular Yahudi emas Efeslik Trofimni Pavlus bilan birga shaharda ko'rib, Pavlus uni markaziy ibodatxonaga boshlab kirdi deb xato o'ylagan edi. Shuning bilan butun shahar tavrab ketdi. Taraf-tarafdan yugurib kelgan xaloyiq Pavlusni tutib, markaziy ibodatxonadan so'rab elib chiqdi. Ibodatxona qorovullari ibodatxonada qalayimqonchilik chiqmasin deb, ibodatxonning darvozalarini darhol taqib etdi. To'planchilar Pavlusni urib, o'ltirib etmoqchi bo'lib turganda, butun Yerusalimning qalayimqonchilik ichida qolganligi to'g'risidagi xabar u yerda turishliq Rim lashkarlarining qo'mondoniga yetib bordi. Qo'mondon darhol lashkar va bir qancha 105 ni elib, to'plan bo'layotgan yerga yugurib keldi. Ularni ko'rgan xaloyiq Pavlusni urishni to'xtatdi. Qo'mondon oldiga o'tib, lashkarni Pavlusni tutib, 2 zanjir bilan bog'lashga buyurdi. Keyin "Bu odam kim? U nima gunoh qildi?" deb so'radi. To'planchilarning ichida ba'zilar uni desa, ba'zilar buni deyishib, qalayimqonchilik bo'lib ketdi. Shunga haqiqiy ahvolni aniqlashga amalsiz qolgan qo'mondon oxir Pavlusni yondagi qal'aga ilib ketishni buyurdi. Pavlus qal'aning palampiga kelganda, to'planchilar texmu zo'ravonlashib ketdi. Shuning bilan lashkarlar uni qal'aga ko'tirib aketishga majbur bo'ldi. Ularning kaynidan agishib mangan xaloyiq uni o'ltiringlar deb vaqirishdi. Lashkarlar Pavlusni qal'aga akirib ketishga oz qolganda, Pavlus grek tilida qo'mondondan "Bir eg'iz so'zim bor edi. Aytsam bo'lamdikin?" deb so'radi. "Grekcha bildikansan. Undaqda ilgari qalayimqonchilik chiqirib, xanjarli 4000 to'planchini boshlab, cho'lga qechib ketgan heliqi misrlik sen o'xshamamsan?" deb so'radi qo'mondon. "Yo'q, men Yahudi, Kilikiya o'lkasining Tarsus shahrida tug'ilgan. Shu muhim shaharning fuqarosiman. Xaloyiqqa bir necha eg'iz so'z qilishimga
icazat qısınız, dedi Pavlus. Qo'mondan ijozat qildi. Pavlus palampayda turib xaloyiqqa qo'l ishorati qildi. Ko'pchilik tinchiganda u aromiy tilda so'zlashga boshladi. 22-bob. Hurmatli Yahudi otalar va akufkular. Endi o'zimni oqlaydigan so'zlarimga quloq solinglar, dedi Pavlus. Ular Pavlusning aromiy tilda so'zlaganligini anglab, texmu jim bo'lishdi. Pavlus so'zini davomlashtirdi. Menmi bir Yahudi, Kilikiya o'lkasining Tars shahrida tug'ildim. Lekin Yerusalimda cho'ng bo'ldim. Dağınlıq Tevrat ustazi Gamaliyel'den ta'lim elib, ajdodlarimizning qolgan Tevrat qonuniga qattiq rioya qilib keldim. Sizlarga o'xshash Xudo yo'lda butun vujudim bilan qizg'in ishlagan edim. Hazrati Ayso yo'lda manganlarga ziyonkashlik qilib, ularning o'lishiga sababchi bo'ldim. Hazrati Aysoga agashganlarni ayol demay tutib, zindonga tashlatdim. Bu to'g'riliq bosh ruhoniy va butun oliy kengashma mening so'zlarimning rostligini isbotlab beralaydi. Men ulardan Damashqdagi Yahudi boshliqlarga yozilgan xatlarni elib, u yerdagi Hazrati Aysoga e'tiqod qilganlarni jazolash uchun Yerusalimga kishanlab elib kelish niyatida yo'lga chiqqan edim. Tushga yaqin Damashqqa yetib kelishga oz qolganimda to'satdan osmonning kuchli bir nur tushib, atrofimni yo'rtlatdi. Yerga yiqildim. Ondan Saul, Saul, bana neymişqa ziyonkashlik qilsan degan ovozini angladim. Ey Rabbim, sen kimsan deb so'rsam, u men sen ziyonkashlik qilayotgan Nasiralik Ayso dedi. Men bilan birga kelayotganlar u nurni ko'rgan bo'lsa-mu, lekin menga qilgan so'zlarni tushunmabdi. Ben yana, ey Rabbim, men nima qilay deb so'rsam, u menga o'rningdan tur, Damashqqa kir. Xudo sana topshirgan ishlarning hammasini u yerda o'qisan, dedi. Yilqi kuchli nurdan ko'zlarim kumas bo'lib qoldi. Shunga yenimdagilar qo'limdan yetaklab Damashqqa elib kirdi. U yerda Hananiya ismli bir kishi bor edi. U Xudoga ixlosman, Tavrat qonunimizga qattiq amal qiladigan kishilardan bo'lib, Damashqdagi butun Yahudiylarning hurmatiga sazovor edi. U kelib, yenimda turib, "Qarindishim Saul, ko'zlaring asliga kelsin", dedi. Shu an ko'zlarim asli kelib, uni ko'rdim. U menga ajdodlarimiz e'tiqod qilib kelgan Xudo seni o'zining irodasini bilishingga tanladi. U yana o'zining odil xizmatkori bo'lgan Hazrati Aysoni ko'rishing va uning og'zidan chiqqan so'zlarni anglashing uchun seni tanladi. Chunki sen ko'rgan anglaganlaringni butun insonlarga yetkazsan. Shunday ekan, sen yana nemini saqlab tursan? O'rningdan turib cho'mildirgin va Rabbimizga duo qilib, gunohlaringdan poklan, dedi. Keyin Yerusalimga qaytib keldim. Markaziy ibodatxonada duo qilayotganimda ko'zimga bir g'oyibona alomat ko'rindi. Bu alomatda men Rabbim Aysoni ko'rdim. U menga Yerusalimdan darhol ket. Chunki bu yerning odamlari sening manqan guvohligingni qabul qilmaydi, dedi. Men, ey Rabbim, ular mening hamma yerda ibodatxonalarga kirib, sana e'tiqod qilganlarni tutqun qilib, urganligimni biladi. Xalqni sana e'tiqod qilishga da'vat qilgan Stepan o'ldirilganda, men mush yerda edim. Uni o'ldirganlarning kiyimlarini saqlab, qilmishlariga qo'shilgan edim. Men bu yerda tursam, ular mening gapimga cho'qim ishindi, dedim. Biroq Rabbim Ayso menga yana Yerusalimdan chiqib ket. Seni yiroq joylarga, Yahudi emaslarning orasiga avatman, dedi. Pavlusning so'zlariga boshdan oyoq quloq silayotgan xaloyiq uning
Yahudi emese haqidagi so'zni anglash bilanla uni yo'qotish kerak, o'ldirish kerak. O, o'lishga tegishlik deb chiqon selishdi. Ular bir tarafdan chiqon selib, bir tarafdan kiyimlarini planlatib, to'p so'rib, chang chiqiribdi. Rim qo'mondoni Pavlusni qal'aga akirib ketishga amr qildi va xaloyiqning uningga nima uchun bundoq cho'qon soldiganligini tekshirmoqchi bo'lib, lashkarlarga uni qamchilab, so'roq qilishni buyurdi. Ular Pavlusni to'rikka bog'lab, qamchilamoqchi bo'lganda, Pavlus yeni turgan yuzbeshiga bir Rim fuqarosini sotlamayla qamchilashinglar qonunga uyg'unmi? dedi. Bu so'zni anglagan yuzbeshi qo'mondonning oldiga berib, o kishi Rim fuqarosi ekan. Siz nima ish qilayotganligingizni bilmamsiz, dedi. Qo'mondon Pavlusning oldiga berib, uningdan, "Aytqin, sen rostdanla Rim fuqarosimi?" deb so'radi. "Rost", deb javob berdi Pavlus. Qo'mondon, "Men nurg'un pul xarjlab, aron fuqarolik salohiyatiga ega bo'ldim", dedi. Pavlus, "Men tug'ilishimdan shundoq", dedi. Shuning bilan Pavlusni so'roq tatmoqchi bo'lgan lashkarlar darhol o'zini chatga oldi. Uni bog'latgan qo'mondonmi uning Rim fuqarosi ekanligini bilib, qo'rqib ketdi. Chunki u bir Rim fuqarosini qonunsiz holda bog'lab, qamchilashga amr qilgan edi. Qo'mondon Yahudiylarning Pavlusning ustidan qilgan shikoyatining sababini haqiqiy bilish uchun atsi uni yeshib etib, oliy ruhoniylar va butun Yahudi oliy kengashmasilarning bir yerga yig'ilishini buyurdi. Ondan Pavlusni elib kelib, ularning oldiga turg'izdi. Oldiga 23-bob. Pavlus oliy kengashma heyatiga tikilib turib, "Qarindoshlar, men bugungacha Xudoning oldida pok vijdonim bilan yashab keldim", dedi. Buni anglagan bosh ruhoniy Hananiya Pavlusning yanında turganlarga uning og'ziga urishni buyurdi. Pavlus uningga, "Ey, tish palpal saqtibas, seni Xudo urdi. Sen u yerda o'tirib, meni Tavrat qonuni bo'yicha so'roqqa tatmoqchi. Lekin meni urg'izib, o'zing Tavrat qonuniga xiloflik qilyapsan", dedi. "Sen Xudoning bosh ruhoniysiga haqorat keltiryapsan", deyishdi yeni turganlar. Pavlus, "Meni kechiringlar. Men uning bosh ruhoniy ekanligini bilgan bo'lsam, undaq demaydim. Chunki Tavratda xalqingni idora qildigan boshliqqa tuhmat qilma deyilgan", dedi. Pavlus bu bir to'p kishilarning ichida ba'zilari Saduqiy dini iqimdikilar, ya'ni ba'zilari Farisiy dini iqimdikilar ekanligini bilib, ularni talash tatishga selish uchun oliy kengashmada yuqori ovoz bilan, "Qarindoshlar, men bo'lsam Farisiylardan bo'laman va bir Farisining o'g'liman. Men o'lganlarning qayta tirilishini umid qilganligim uchunla bugun bu yerda so'roqqa tortilyapman", deb vaqirdi. Bu so'z uning og'zidan chiqishi bilan tang Farisiylar bilan Saduqiylar talash tortish qilishib ketdi. Kengashmadagilar ikkiga bo'linib ketdi. Chunki Saduqiylar o'lganlarning qayta tirilishiga, farishta va ruhlarning mavjudligiga ishonmaydi. Lekin Farisiylar bularga ishonadi. Buning bilan chuqon suran bag'on suri kuchaydi. Farisiy iqimidagi ba'zi Tavrat ustozlari o'rnidan turib, "Biz bu odamdan hech qanday xatolik topamidik. Ehtimol rostdan bir ruh yoki farishta uning bilan so'zlashgan bo'lsa, ajab emas", deb qattiq munoziralashdi. Talash tortish avj olib ketdi. Yahudiylarning Pavlusni tortib, parcha-parcha qilib etishdan qo'rqib qolgan qo'mondon lashkarining zalga kirib, kishilarning orasidan Pavlusni zo'rlik bilan tortib chiqib, qal'aga akirib ketishni buyurdi. Shu kuni kechasi Rabbimiz Ayso Pavlusning yanida turib, "G'ayratlik bo'l. Sen Yerusalimda men uchun guvohlik berganingdek, hamda Rim shahridimi shundoq qilishing kerak", dedi. Atsi atganda
ba'zi Yahudilar maxfiy suiqasd planlab, Pavlusni o'ltirmaguncha hech narsa yemaymiz, ichmaymiz deb qasam qilishdi. Bu suiqasdni planlovchilar 40 necha kishi edi. Ular oliy ruhoniylar va Yahudi oqsoqollarning oldiga berib, biz Pavlusni o'ltirmaguncha hech narsa yemaymiz deb qattiq qasam qildik. Hozir sizlar va oliy kengashma Pavlusning ishlarini texmo tafsir tekshirish bahonasi bilan uni kengashga elib kelishni Rim qo'mondonidan talab qilinglar. Biz tayyor turib, uni kengashga elib kelinishdan ilgirila joylab etamiz, dedi. Biroq bu suiqasddan xabar topgan Pavlusning singlisining o'g'li darhol qal'aga kirib, Pavlusga xabar qilib qo'ydi. Buning bilan Pavlus 105lardan birini chaqirtib, uningga bu yoshni qo'mondon bilan ko'rishtirib qo'ysingiz. Uning qo'mondonga ma'lum qildigan ishi bor ekan, dedi. 105i bu yoshni qo'mondonning oldiga boshlab kirib, "Mahbus Pavlus, meni chaqirtib, bu yoshni siz bilan ko'rishtirib qo'yishimni talab qildi. Chunki uning sizga ma'lum qildigan ishi bor ekan", dedi. Qo'mondon uni qo'ldan tutib, bir chetga tortib, "Ma'lum qildigan nima ishing bor?" deb so'radi. U javoban mundoq dedi: "Yahudi oqsoqollar Pavlusning ishlarini tafsili tekshirish bahonasi bilan o'zlaridan ata uni Yahudi oliy kengashmasiga elib berishni talab qilishga kelishdi. Ularga ma'qul bo'lmaysiz. Chunki 40 necha odam uni yoshurun kutib turdi. Ular Pavlusni o'ltirmaguncha hech narsa yemaymiz, ichmaymiz deb qasam qilishibdi. Hozir o'zlarining ularning talibiga qo'shilishlarini kutib turdi." Qo'mondon uningga, "Bu ishni menga ma'lum qilganligingni hech kim uqmasin", deb topilib uni qaytardi. Qo'mondon 105dan 2ni chaqirtib, 200 piyoda lashkar, 70 otliq lashkar va 200 nayzvoch lashkar hozirlab, bugun kecha soat 9da Qaysariya shahriga qarab yo'lga chiqinglar. Shuning bilan birga Pavlusni vali Feliksning yeniga sog'-salomat yetkazish uchun uningga uloq tayyorlanglar, deb buyurdi. Qo'mondon Lisias Pavlus haqida Feliksga yana mundoq bir xat yozdi. "Hurmatlik vali Feliks janoblarga, Claudius Lisiasdan ehtirom bilan salom. Maqsadga kelsam, bu kishini Yahudilar tutib olgan bo'lib, o'ltirmoqchi bo'lgan edi. Lekin uning Rim fuqarosi ekanligini bilib kelib, lashkar boshlab berib, uni qutqizdim. Men ularning bu kishi ustidan qilgan shikoyatning sababini tekshirib, aniqlamoqchi bo'lib, uni Yahudilarning oliy kengashmasiga elib bordim. Natijada men uning ustidan qilgan shikoyatining diniy qonuniga doir masalalardan boshqa narsa emas ekanligini bayqadim. Uningdan o'lim jazosi berishga yoki zindonga tashlashga loyiq biror jinoyat topolmadim. Keyin men ba'zi Yahudilarning uni o'ltirib etish qasdi bo'layotganligidan xabar tepib, darhol uni janoblarga yo'llashni to'g'ri topdim. Shuning bilan birga arz qiluvchilarning shikoyatlarini o'zlarining oldida qilishini buyurdim. Lashkarlar buyruq bo'yicha Pavlusni kechilab Antipatris shahriga yetkazdi. Ertasi Pavlus otliq lashkarlarning elib berishiga topshirildi. Piyoda lashkarlar bo'lsa Yerusalimdagi qal'aga qaytib keldi. Otliqlar Qaysariyaga berib, xatni valiga sundi va Pavlusni topshirdi. Vali xatni o'qigandan keyin Pavlusning qaysi o'lkadan ekanligini so'rab, uning o'z boshqarishidagi kelikidan kelganligini bilib, uningga "Seni ustingdan arz qiluvchilar kelganda bir taraf qilaman", dedi va lashkarlarga uni Yerodxon sog'an o'rdidagi bir uyga nazarband qilib qo'yishni buyurdi. 24-bob. 5 kundan keyin bosh ruhoniy Hananiya va oqsoqollardan bir nechaylan Tertullus ismli bir advokat bilan Qaysariyaga kelib, Pavlus to'g'risidagi shikoyatlarini vali Feliksga sundi. Pavlus chaqirtildi. Tertullus uning ustidan shikoyat qilib, mundoq dedi:
hürmetlik Felix canablari. Biz özlerinin kolu aslında uzundan buyon aman isen yaşap kelmoqdamiz. Xalqimizda nachar illatlar tugatilib, cho'ng o'zgarishlar borliqqa keldi. Buningdan har vaqt, har joyda cheksiz minnatdormiz. Menki Tertullus o'zlarini ortiqcha ovora qilishni xohlamayman. Qisqagina arzirimizni sabrchanlik bilan anglashlarini o'tinib so'rayman. Biz shuni tonib yetdikki, bu jidalxo'r butun dunyodagi yahudilar orasida qalaymiqonchilik paydo qilib, ularni Rim hokimiyatiga qarshi chiqishga kuch tutayotgan bo'lgunchi va shundaqla Nasiralliklar deb atalgan bir guruhning katta boshlaridan biridir. U bizning markaziy ibodatxonamizni bulg'amoqchi bo'lgan edi. Shunga biz uni tutib oldik. Uni so'roq qilib ko'rsizlar. Bizning arzirimizning to'g'riligini tushunadilar. Sorunda bo'lgan Yahudilarmi bir egizdan shikoyat qilishib, uning aytganlarini tasdiqlashdi. Pavlus Vali Felixning ruxsatini olgandan keyin so'z qilib mundoq dedi. Janoblarining uzun yillardan beri Yahudi xalqini so'rab kelganligidan xabarim bor. Shunga oldilarida o'zimni oqlashga roziman. Asalla bilaydiliki, men Yerusalimga ibodat qilishga borganimdan hozirgacha faqat 12 kunlar o'tdi. Mening markaziy ibodatxonada biror odam bilan talash-tortish qilganligimni ko'rgan kishi yo'q va mening boshqa ibodatxonalarda yoki shaharning boshqa joylarida omini qutarganligimni ko'rgan kishi yo'q. Bular janoblarga mening ustimdan qilgan shikoyatlarga isbot ko'rsatib berolmaydi. Biroq birla ishni e'tirof qilamanki, men Yahudilar xato iqim deb qaragan Hazreti Ayso yo'li bilan mengib, ajdodlarimiz azaldan e'tiqod qilgan Xudoga ibodat qilaman. Tavratda va boshqa payg'ambarlarning yozmalarida yozilganlarning hammasiga ishonaman. Mushu Yahudilarga o'xshash, menmi butun insonlarning yaxshi yomon bo'lishidan qat'iy nazar, hammasining o'lgandan keyin so'roq qilinishi uchun qayta tirildirilganligiga ishonaman. Shu sababdan o'zim hamisha Xudo oldidimi, insonlar oldidimi pok vijdonli bo'lishga tirishaman. Men Yerusalimdan ayrilg'ili xeyli yillar bo'lgan bo'lib, bu qitim u yerga Yahudi qarindoshlarimga yordam pul yetkazib bergili va Xudoga qurbonlik qilg'ili borgan edim. Ustimdan shikoyat qilgan Yahudilar meni markaziy ibodatxona hovlisida ushatganida men tozalanish diniy qoidasini o'tib, sadiqamni sunib otatdim. Atrofimga odam to'plug'inimi yo'q, qalaymiqonchilik chiqog'inimi yo'q. Osiyo o'lkasilik ashu Yahudilarning mening ustimdan shikoyatlari bo'lsa, asli ular o'zlari kelib, janoblarining oldida deyish kerak edi. Bo'lmasa, qani mushu so'rindikilar Yerusalimdagi Yahudi oliy kengashimizni so'roq qilgan vaqtimda meningdan qandoq jinoyat tepilganligini aytib baqsin. Faqat shuni e'tirof qilamanki, Yahudi oliy kengashimizda so'roq qilingan vaqtimda bugun o'lganlarning qayta tirilishiga ishonganligim uchunla sizlarning so'rg'inglarga tortilyapman deb baqirgan edim. Buningda nima gunoh bor? Rabbimizning yo'liga nisbatan xeyli bilimi bo'lgan Felix so'roqni to'xtatib, ularga davoyinglar to'g'risida hukmni qo'mondan Lisias kelganda chiqiraman dedi. U yuz beshiga Pavlusni davomli tutib turishni, lekin uningga biroz keng muomala qilib, do'st birodarlarining uning turmush ehtiyojini ta'minlab turishiga yo'l qo'yishni buyurdi. Bir necha kundan keyin Vali Felix Yahudi ayoli Drusilla bilan birga kelib, Pavlusni chaqirtib, uningdan qutquvchi Masih Aysoga e'tiqod qilish yo'lini angladi. Pavlus Xudoning oldida haqqoniy yashash, o'zini tutib olish, qiyomat kunidagi
savol so'roq qilinish qatorliqlar to'g'risida to'xtalganda, vahimaga tushgan Feliks uningga: "Hozircha qaytib tursangiz bo'ladi. Keyin vaqtim chiqqanda yana chaqirtiman", dedi. U Pavlusning pora berishini kutatdi. Shuning uchun uni pat-pat chaqirtib, uning bilan so'zlashatdi. 2 yildan keyin vali Feliksning o'rniga Portius Festus vali bo'ldi. Feliks Yahudiylarga yaxshi ko'rinishi uchun Pavlusni so'laqda qoldirdi. 25-bob. Festus Feliksning o'rniga vali bo'lib, Yahudiya o'lkasidagi Qaysariyaga kelib, 3 kundan keyin Yerusalimga borgan edi. Oliy ruhoniylar bilan Yahudiylarning oqsoqollari Festusga Pavlusning ustidan shikoyat qilib, uningdan Pavlusni Yerusalimga avatib berishni o'tinib so'rdi. Chunki ular yo'l ustida Pavlusni o'ldirishni qasdlagan edi. Lekin Festus ularga: "Pavlus hozir Qaysariyada so'laqda. Men yaqinda u yerga qaytib ketaman. Sizlarning oqsoqollaringlar men bilan birga bo'lsin. Agar uning biror qonunsiz qilmishlari bo'lsa, ular shu yerda shikoyat qilsa bo'ladi", deb javob berdi. Festus ularning orasida 10 kun turib, Qaysariyaga qaytib keldi. Ertasi sud ichib, Pavlusni sud maydoniga elib kelishni buyurdi. Pavlus kirgandan keyin Yerusalimdan kelgan Yahudiylar uning atrofiga olishib, uningga nurg'un ig'ir jinoyatlarni ortib, uning ustidan shikoyat qildi. Biroq hech qaysisiga isbot ko'rsatib bera olmadi. Shuning bilan Pavlus o'zini oqlab: "Men Yahudiylarning qonuniga, markaziy ibodatxonasiga yoki Rim imperatoriga qarshi hech qanday jinoyat o'tkazmadim", dedi. Lekin Festus Yahudiylarga yaxshi ko'rinish uchun Pavlusdan: "Seni Yerusalimga opirib, u yerda bu shikoyatlarga asosan sotlasam qandaq?" deb so'radi. "Olmaydi", deb javob berdi Pavlus. "Men hozir Rim imperatori Qaysarning huquqi bilan tayinlangan so'roqchi oldida turman. Meni so'roq qilishga tegishli mana mushu. O'zingizga ma'lum, men Yahudiylarga qarshi hech qanday jinoyat o'tkazmadim. Agar jinoyatim bo'lsa va o'limga loyiq biror ish qilgan bo'lsam, meni jazolmang deb talab qilmagan bo'latdim. Ularning mening ustimdan qilgan shikoyatlari amaliyotga uyg'un emas. Shuning uchun hech kimning meni ularga topshirib berishga haqqi yo'q. Men Rim imperatoriga arz qilaman, o'zi meni so'roq qilsin." Vali Festus maslahatchilari bilan maslahatlashgandan keyin Pavlusga: "Sen Rim imperatori Qaysarning so'roq qilishini talab qilding. Shunga uning oldiga elib berilsan", dedi. Bir necha kundan keyin Agrippa xon bilan singlisi Berniki Festusning valilik mansibiga o'tirganligini tabriklash uchun Qaysariyaga keldi. U yerda bir necha kun turgandan keyin Festus Pavlus to'g'risida Agrippaga mundaq dedi: "Bu yerda Feliks qoldirib ketgan bir mahbus bor edi. Men Yerusalimga borganimda Yahudi oliy ruhoniylar bilan oqsoqollari uning ustidan shikoyat qilib, mendan uni jazolashni talab qilishdi. Men ularga Rimliklarning qonuni bo'yicha so'roq qilinuvchi, arz qilguvchi bilan yuzlashtirilishdan va uningga o'zini oqlash fursati berilishdan ilgari uning ustidan hukm chiqarishga bo'lmaydiganligini aytdim. Ular bu yerga kelgandan keyin men vaqtni kechiktirmay, ertasilar so'roqni boshlab, u kishini so'roqqa akilishni buyurdim. Arz qilguvchilar o'rnidan turib, uning ustidan shikoyat qilishdi. Lekin ularning shikoyatlari mening o'ylaganimdek jinoyat haqida emas edi. Aksicha, ularning bu kishi bilan talash-tortish qilishini o'z dini haqidagi masalalar va Ayso ismli bir kishi haqida edi. U kishi o'lgan bo'lib, Pavlus bo'lsa, u tirildi deydigan. Bu masalani men zodi qandoq aniqlashni bilmadim. Shuning uchun men Pavlusdan Yerusalimga berib, u yerda bu shikoyatlarga asosan
so'roqqa tortishga rozi bo'lish bo'lmasligini so'ragan edim. Halbuki Pavlus Rim imperatorining oldida so'roq qilinishni talab qildi. Shunga men uni imperatorining oldiga avatganga qadar so'loqda tutib turishni buyurdim. Agrippa Festusqa: "Menmi bu kishining so'zini anglab boqay", dedi. "Ati anglaysiz", dedi Festus. Atsi Agrippa bilan Berniki hayvatlik tantani bilan yig'in zaliga kirib keldi. Har qaysi qo'mondan va shahar katvaşlarımı ular bilan birga kelishdi. Festusning amr berishi bilan Pavlus elib kirildi. Vali Festus mundaq dedi: "Agrippa xon oliylari va so'ron qatnashgan janoblar, bu kishini ko'rib turibsizlar. Butun Yahudilar bu yerda va Yerusalimda o'lim jazosi berishni qattiq talab qilgan kishi mana shu. Lekin men uningdan o'lim jazosi berishga tegishlik biror jinoyat topolmadim. Hozir u meni Rim imperatori so'roq qilsin deb iltimos qildi. Shuning bilan uni Rimga avatishni qaror qildim. Biroq bu kishi haqida menda podshoga ma'lum qilgudek ochiq ma'lumot yo'q. Shunga ahvolni tekshirish orqali biror ma'lumotga ega bo'lish maqsadida uni har birlarining oldiga, bo'libmi Agrippa xon oliylarining oldiga elib keldim. Chunki meningcha mahbusni Rimga avatib, uning ustidan qilingan shikoyatdan tafsili ma'lumot bermaslik to'g'ri emas. 26-bob. Shuning bilan Agrippa xon Pavlusga: "O'zingni oqlashingga ruxsat", dedi. Pavlus qo'lini ko'tarib, o'zini oqlashga boshladi. "Ey Agrippa xon, bugun oldilarida Yahudilar mening ustimdan shikoyat qilgan butun ishlardan o'zimni oqlash fursatiga ega bo'lganligim uchun o'zimni baxtli his qilman. Bo'libmi xushnorlik yeri shuki, o'zlari Yahudilarning an'analari va talash tortish qiladigan masalalarini yaxshi biladilar. Shuning uchun arz holimni sabrchanlik bilan anglab beqishlarini o'tinaman. Mening dastlabki o'z yurtimda hamda keyin Yerusalimda qandoq yashab kelganligim hamma Yahudilarga ayon. Ular mening uzundan beri Yahudi dinining Parisi nomli eng kuchli iqimiga mansub ekanligimni biladi. Agar xolisa guvohlik beralaydi. Xudo ajdodlarimizga va'da qilganini umid qilganim uchun endi bugun o'zlarining oldida sotlanayapman. Bizning xalqimizning 12 qabilasidagi butun qarindoshlarmi kecha-kunduz Xudoga ibodat qilib, uning ularga qilgan dal mushu va'dasini amalga oshirishini intizorlik bilan kutib keldi. Ey xon, Yahudilarning mening ustimdan shikoyat qilishi dal mana shu umid bilan munosabatlik. Sizlar nemishqa Xudoning o'lganlarni tirildiroladiganligiga ishonmaydigansizlar. Burun menmi Nosiralik Aysoning nomiga butun kuchim bilan qarshi turishim kerak deb qaraytdim va Yerusalimda mana shunda qilgan edim. Oliy ruhoniylardan olgan huquqim bilan nurg'un e'tiqodchilarni zindonga tutib bergan. Ular o'limga hukm qilgandimi? Hukmga qo'shilgan edim. Men har qaysi ibodatxonlarda ularni izlab, ko'p qitim ularni jazolatib, ularni e'tiqodidan voz kechishga majburlashga tirishgan edim. Men ularga shu qadar o'ch edimki, hatto boshqa davlatlardagi shaharlarga berib, ularga ziyonkashlik qilgan. Ey xon, bir kuni oliy ruhoniylar bergan huquq bilan Hazreti Aysoga egashganlarga ziyonkashlik qilg'ili Damashq shahriga qarab yo'lga chiqdim. Tush vaqtida yo'lda ketib etib, osmondan tushgan quyosh nuridanmi kuchlik bir nurning atrofimni va bilib kelayotganlarni yo'rtayotganligini ko'rdim. Hammamiz yerga yiqildik. Men Aromiy tilida aytilgan Saul, Saul, bana nemishqa ziyonkashlik qilasan? Sen xuddi xo'jayini ursimu mamg'an
Cahil eshakka o'xshash, o'zing ziyon tatsan, degan bir ovozni angladim. Ey Rabbim, sen kimsan? deb so'radim men. Rabbim Ayso javoban, men sen ziyonkashlik qilayotgan Ayso. O'rningdan tur. Seni o'zimga xizmat qilishga ham guvohlik berishga tanlaganim uchun sana ko'rindim. Sen bugun meningdan ko'rgan ishlarni ham kelgusida sana ko'zlagan ishlarimni boshqalarga yetkazasan. Men seni Yahudilarningmi va Yahudi emaslarningmi qo'lidan qutqisaman. Men seni Yahudi emaslarning yeniga avatmoqchiman. Sen qorong'ulikda yashayotganlarning ko'zlarini ochib, ularni zulmatdan yo'qlikqa, shaytonning ilkidan Xudoning podshohligiga boshlaysan. Buning bilan ularning gunohlari kechirim qilindi. Shundaqla ular menga e'tiqod qilish orqali pok qilinganlarning orasidan o'rin oladi, dedi. Ey Agripxon, shuning uchun men Xudodan kelgan g'oyibona alomatda ko'ringan Hazrati Aysoga qattiq itoat qildim. Oldi bilan Damashq xalqiga, Yerusalim shahridagi Yahudilarga, butun Yahudiya o'ksigi kishilarga, ondan Yahudi emaslarga-mu xush xabar yetkazdim. Ularga yomon yo'llaringlardan yenib, Xudo yo'liga qaytinglar. Tavba qildik desanglar, uni so'z bilan emas, yaxshi amaliyatinglar bilan isbotlanglar, deb ularni tavba qilishga da'vat qildim. Shu sababdan Yahudilar meni markaziy ibodatxona hovlisida tutib, o'tirvatmoqchi bo'lishdi. Biroq Xudo bugungacha menga yordam qilib, meni qovdidi. Shuning uchun bugun bu yerdagi cho'ng kichik hammalarning oldida-mu Hazrati Aysoga guvohlik beraman. Mening itqonlarim Musa va boshqa payg'ambarlarning keldigan qutquzuvchi Masih haqida oldin itqonlardan boshqa narsa emas. Ular qutquzuvchi Masihning jazman o'ltirilib, hammadan burun o'limdan manguga tirildirilib, o'z xalqi ham butkul dunyo xalqiga nijotlik nurni elib kelganligini oldin aytgan edi. Pavlus o'zini mana shundoq oqlaganda, Vali Festus yuqori ovoz bilan uningga: "Pavlus, sarang bo'libsan. Yuqori biliming aqlingni ozdiribdi", dedi. "Hurmatli Vali Festus", dedi Pavlus. "Men sarang bo'lganim yo'q. Mening e'tiqodlarim rost va aqlga muvofiq. Bu ishlardan Agrippa xonning xabari bor. Shuna men xonga ochiq aytalayman. Bu ishlarning hammasiga xonning diqqat qildiganligiga ishonaman. Chunki Hazrati Aysoning beshidan o'tgan ishlar odam ko'maydigan, pulun pushqoqlarda bo'lgan ishlar emas-da." Ondan Pavlus Agrippa xonga qarab mundoq dedi: "Ey xon, o'zlari payg'ambarlarning qutquzuvchi haqida aytganlariga ishonamdilar. Ishondiganliklarini bilaman." Agrippa xon Pavlusga: "Sen meni mo'shinchilik qisqig'ini vaqtda Aysoga e'tiqod qilishga qoyil qilalayman deb o'ylayapsan", dedi. Pavlus: "Mayli boldir yoki keyin bo'lsin, o'zlarining va bugun mening so'zimni olg'uvchilarning hammasining menga o'xshash Hazrati Aysoga e'tiqod qilishi uchun duo qilaman. Faqatla menga o'xshash zanjirda bo'lsinlarni xohlamayman", dedi. Shuning bilan Agrippa xon Vali Festus, Agrippaning singlisi Berniki va boshqa o'rinlardan turib, u yerdan chiqib ketgandan keyin bir-biriga: "Bu kishining o'limga yoki turmga solashga tegishlik biror jinoyati yo'q ekan", deyishdi. Agrippa xon Festusga: "Bu odam meni Rim imperatori o'zi so'roq qilsin demagan bo'lsa, qo'yib berilsa bo'ldi kantiq", dedi. 27-bob.
bizning su yo'li bilan İtaliyaning Rim shahriga berishimiz qaror qilingandan keyin Rimlik amaldorlar Paulus bilan boshqa mahbuslarni Shahona qo'shindagi Yulis ismli 105ga topshirib berdi. Biz Adramit shahridan Osiyo o'lkasining dengiz bo'ylaridagi shaharlarga boradigan kemaga o'tirib safarga otlandik. Makedoniya o'lkasining Salonika shahridan bo'lgan Aristarxos ismli bir kishi biz bilan hamsafar bo'ldi. Etsi Sidon shahriga yetib keldik. Julius Paulusga kengchilik qilib, ehtiyojlarini hal qilish uchun uning shu yerdagi do'st birodarlarining yeniga berishiga ruxsat qildi. Biz u yerdan yana yo'lga chiqdik. Qarshi tarafimizdan shamol chiqqanligi uchun Siprus orolining shamolga daldi tarafi bilan mangdik. Kilikiya va Pamfiliya o'lkalarining dengiz tavallikidan o'tib, Likiya o'lkasidagi Mira shahriga keldik. Biz u yerda kemadan tushdik. Julius Iskandariya shahridan İtaliyaga boradigan kemani tepib, bizni elib uningga tushdi. Dengizdagi safarimiz nihoyatda osti bo'ldi. Bir necha kundan keyin nihoyat tasdiqda Kindos shahrining bo'yiga keldik. Shamolga qarshi manganligimiz uchun burunqi yo'nalishimiz bo'yicha ilgarilayolmadik. Shunga Krit orolining shamolga daldi tarafi bilan mengib, Salmoni yerim orolidan o'tib, dengiz qirg'ini bo'ylab nihoyat tasdiqda ilgariladik va Lasiya shahriga yaqin bo'lgan Aramgoh deb atiladigan bir yerga keldik. Safarimiz xeyli vaqt keyniga surilib, kuz fasli bo'lib qolgan edi. 10-oydan keyin bo'ron ko'p bo'lganlikdan dengizda safar qilish xatarli edi. Shunga Pavlus ko'pchilikka: "Qarindoshlar, meningcha bu yerdan safarni davomlashtirish nihoyatda xatarlik. Mol va kemiz yangi uchrabli qolmay, hayotimizni saqlab qolishimiz tez", deb ogohlantirdi. Biroq 105 Yulis bo'lsa, kema xo'jayini bilan kema boshlig'ining so'ziga ishinib, Pavlusning so'ziga ishonmadi. Uning ustiga bu yermu qishlab kelishga muvofiq joy emas edi. Shunga ko'pchilik safarini davomlashtirib, mumkin qadar Feniks shahriga yetib elib, shu yerda qishlashni quvvatladi. Chunki Krit orolidagi bu yaxshi port shahriga faqat sharqiy janub va sharqiy shimol shamol tegadigan bo'lib, u shahar qishlashga nihoyatda muvofiq joy edi. Janubdan mayin shamol chiqib turadi. Ko'pchilik asli plan bo'yicha mangsoq bo'ladi deb, dengizdan langarni chiqarib, kemani haydab yo'lga chiqdi va Krit orolini bo'ylab mangdi. Uzun o'tmay, oroldan qattiq sharqiy shimol bo'rini chiqib keldi. Kema bo'ronning hujumga uchraganlikdan olg'a ilgarilashga amalsiz qoldik. Shuning bilan kemani bo'ronning haydab minishga qo'yib berdik. Kavda degan bir kichik orolning shamolga daldi tarafiga o'tib elib, qo'lvaqni kemaga chiqarib elish orqali buni nihoyat tasda saqlab qola oldik. Kemichilar kema parchalanib ketmasin deb, kemani og'amchi bilan sirtidan o'rab, bog'lab oldi. Kemaning Liviya do'ltiga yaqin yerda dengiz ostidagi qum dovisiga petib kelishidan ansirab, yelkanlarni tushirib, kemani mengishiga qo'yib berdi. Shiddatli bo'ron to'xtamagan edi. Etsi ular kemani yeniqtish uchun molni dengizga tashlashga boshladi. Uning etsi kemadagi qurol saymonlarni dengizga tashlab etdi. Biz bir qancha kunlargacha kun va yulduzlarni ko'rolmadik. Bo'ron chopqin yanada shiddatli davomlashyapti. Oxir qutulib qolish umidimizdan voz kechdik. Kemadikilar bir narsa yemaginiga xeyli kunlar bo'lgan edi. Pavlus ularning oldida turib: "Qarindoshlar, sizlar baldurlar mening Kritdan yo'lga chiqmayli degan so'zimni anglagan bo'lsanglar, bu ziyon zahmatlarga uchirmagan bo'latdik. Lekin endi sizlarning g'ayratli bo'lishinglarni o'tinaman. Kema g'arq bo'lgan taqdirdimi, hech qaysinglarning hayoti ziyonga uchirmaydi. Chunki mening egam bo'lgan va men xizmat qilib kelgan Xudo tunugin kecha bir farishtasini yenimga avatdi.
Farishta menga, Pavlus, qo'rqma. Sen Xudoga guvohlik berish uchun Rim imperatorining oldiga berishing kerak. Mehribon Xudo duoyingni qabul qilib, sen bilan birga safar qilganlarning hammasini qutqizadi, dedi. Shuning uchun hammanglar g'ayratli bo'linglar. Ishonamanki, Xudo menga qilgan so'zlarini jazman amalga oshirdi. Biroq biz qirg'oqqa urilib ketishdan saqlana olmaymiz. Safarimizning 14-kuni kechasi kemimiz texchi Adriatik dengizida laylab yuratdi. Yerim kechida kemichilar quruqlikqa yaqinlab qoldik deb qarab, dengizga og'amchi tashlab, suning cho'nqurligini o'lchab ko'rgan edi. 40 metr chiqdi. Sal oldiga menib, yana o'lchib edi. 30 metr chiqdi. Ular kemining xoda tashlab urilib ketishidan qo'rqib, kemini to'xtatish uchun kemining kaynidan 4 langar tashlab, tong etishni intizorlik bilan kutib turdi. Kemidan qochmoqchi bo'lgan kemichilar kemining beshidanmi langar tashlaymiz deb bahona tepib, qo'lvaqni dengizga tushirdi. Lekin Pavlus, yüzbeshi Yulius va lashkarlarga bu kemichilar kemida qolmasa, sizlar qutulolmaysizlar, dedi. Buning bilan lashkarlar kemidagi qo'lvaqning og'amchisini kesib, uni dengizga tashlab etdi. Tong etishga oz qolganda Pavlus ko'pchilikni biroz g'izolni olishga chaqirdi. U, sizlarning g'am qayg'u ichida osh yuguninglarga 14 kun bo'ldi. Endi biroz g'izolnishinglarni o'tinaman. Hayot qilishinglar uchun moshunda qilish kerak. Hech qaysinglarning bir tal mo'yimi ziyonga uchirmaydi, dedi. Pavlus bu so'zni qilib bo'lib, qo'liga bir parcha nonni elib, ko'pchilikning oldida Xudoga shukr aytib, nonni o'shtib yedi. Buni ko'rgan hammaylar g'ayratlanib, g'izolnishga boshladi. Kemida biz jami 276 kishi edik. Hammaylar qo'saqni to'ydigandan keyin kemichilar kemini yenilitish uchun kemidagi bug'doylarni dengizga tashlab etdi. Tong otganda kemichilar quruqlikni ko'rdi. Ular u yerning nalikini aniq bilmagan bo'lsa-mu, biroq uningdagi bir qumliq qo'ltiqni bayqab, kemini bir amal qilib shu yerda quruqlikqa chiqarmoqchi bo'ldi. Ular oldi bilan langarlarning og'amchisini kesib, langarlarni dengizga tashlab etdi. Shuning bilan bir vaqtda kemini yana haydash uchun kemining yo'nalishini boshqaradigan ikki taxtayning ipini bo'shatib, taxtaylarni dengizga tushirib etdi. Ondan kemining beshidagi yelkanni chiqarib, shamolning yordami bilan kemini qirg'oqqa yaqinlatdi. Lekin kema qirg'oqqa yetguncha dengiz ostidagi qum dövisiga urilib, petib qoldi. Kemining beshi qumga petib, midirlay olmay qoldi. Kemining orqa tarafi to'lqinlarning zarbisi bilan chuvilib ketishga boshladi. Lashkarlar mahbuslarning suvga sakrab qechib ketishidan saqlanish uchun hammasini o'ltirib etmoqchi bo'ldi. Lekin Pavlusni qutqizishni xohlagan yüzbeshi lashkarlarning bunday qilishiga yo'l qo'ymadi. U oldi bilan suv uzishni bildiganlarning suvga sakrab qirg'oqqa chiqishini, ondan qolganlarning kemining chulib ketgan taxtaylariga va yog'ochlarga esilib elib, qirg'oqqa chiqishini buyurdi. Shunda qilib hammaylar quruqlikqa sog'-salomat chiqib oldi. 28-bob. Biz qutulib qirg'oqqa chiqqandan keyin bu orolning Malta ekanligini bildik. Orol xalqi bizga intayin yaxshi muomala qildi. Bu chaqda yomg'ir yig'ib, havo sovuq bo'lg'achqa, ular gulxon yiqib bizni kutib oldi. Pavlus bir bog'lam o'tin terib kelib, o'tqa tashlab edi. Issiqdan qochgan bir zaharli yilon uning qo'liga yepishib oldi. Yerliklar Pavlusning qo'liga yepishib turgan yilonni ko'rib, bir-biriga bu odam jazman bir qotil. Dengizdan qutulib chiqqan bo'lsa-mu, taqdir uning yashashiga yo'l qo'ymadi, deyishdi. Lekin Pavlus qo'lini silkib, ilonni o'tning ichiga otdi. O'zi bo'lsa hech qanday zaxm yemadi. Xalq
Pavlusning badanining ishib ketishini yoki uning tuyuqsiz yiqilib o'lishini kutatdi. Lekin birdan kutib, uning hech nima bo'lmaganligini ko'rib, xiyolni o'zgartdi. Bu bir xudo bo'lsa kerak, deyishdi. U yerdan ancha yiroq bo'lmagan joyda orol boshlig'i Publiusning bir parcha yeri bor edi. U bizni uyga boshlab, chin ko'ngli bilan 3 kun kutdi. Bu chog'da Publiusning otasi to'lg'oq kesli giribtor bo'lib, qizitmasi o'rlab, o'rin tutib yetib qolgan ekan. Pavlus uning hujrasiga kirib, duo qilib, uchisiga qo'lni tekkizib, saqaytib qo'ydi. Buning bilan oroldagi kasallarning hammasi Pavlusning oldiga kelishib, saqayib qaytishdi. Ular bizni hurmatlab, nurg'un sovg'atlarni akilishdi. 3 oydan keyin bu yerdan ketgan vaqtimizda bizni yo'lda lozimliq narsa keraklari bilan ta'minladi. Malta orolida Iskandariyadan kelgan beshiga Rimliklarning qo'shkezak xudolari Kastor bilan Polkusning naqshi o'yilgan bir kema qishlagan edi. Qish faslidan keyin biz bu kema bilan yo'lga chiqdik. Sirakoza shahriga kelib, u yerda 3 kun turdik. Ondan safarimizni yana davomlashtirib, İtaliyadagi Regium shahriga keldik. Atsi janubdan chiqqan shamolning yordami bilan 2 kunda Puti yo'li shahriga yetib keldik. U yerda uchratgan itqatchilarning taklifi bilan bir hafta turdik. Ondan Rim shahriga qarab yo'lga chiqdik. Rimga kelayotganligimizni xabar topgan Rimdagi itqatchilar bizni qarshılashi uchun Rimdan chiqib 50 necha chaqirim yo'l besib, ba'zilari 3 saroy degan yergacha va ba'zilari texmi yiroq yo'l mengib Appius bozorigacha kelgan edi. Ularni ko'rgan Pavlus Xudoga rahmat aytib, texmi g'ayratlandi. Rim shahriga kirganimizda Pavlusning birli kuzatuvchi lashkar bilan bir uyda turishiga ruxsat qilindi. 3 kundan keyin Pavlus u yerdagi Yahudilarning katiboshlarini o'zi bilan ko'rishga taklif qildi. Ular kelganda Pavlus mundaq dedi: "Qarindoshlar, men xalqimizga yoki ajdodlarimizning qolgan an'analarga qarshi hech qanday ish qilmagan bo'lsam-mu, Yerusalimda Yahudilar tarafidan so'roq tutilib, Rimliklarning qo'liga topshirildim. Rimliklar meni so'roq tatgandan keyin qo'yib etmoqchi bo'ldi. Chunki menda o'lim jazosi berish tegishlik biror jinoyat yo'q edi. Lekin Yahudilar buningga qarshilik bildirgachga, garchi o'z xalqim ustidan biror shikoyatim bo'lmasa-mu, Rim imperatoriga arz qilishga majbur bo'ldim. Shu sababdan men har biringlar bilan yuz ko'rishish va bu haqda so'zlashish uchun seni bu yerga taklif qildim. Shuni bilishinglar kerakki, xalqimiz kutib kelgan qutqizg'uchiga ishonganligim uchunla bu zanjir bilan bog'lanib, tutqun bo'lib qoldim." Ular Pavlusga: "Yahudiydan sen to'g'riliq xat olmadik. Bu yerdan kelgan qarindoshlarning hech qaysimi sen to'g'riliq biror yomon xabar akamidi yoki yomon gapini qilmadi. Lekin sening fikrlaringni anglab boqmoqchimiz. Chunki sen ta'alluq bo'lgan bu iqlimning hamma yerda qarshilikqa uchrayotganligidan xabarimiz bor", deyishdi. Shuning bilan ular Pavlus bilan ko'rishishga bir kunni belgiladi. U kuni Pavlusning turgan yeriga texmi ko'p kishi kelgan edi. Pavlus atigandan kashkicha ularga Xudoning podshohligi haqida tushuntirish berib, Tavrat ham payg'ambarlarning yozimlaridan naql keltirib, ularni Hazreti Aysoning Yahudilar kutib kelgan qutqizg'uchi ekanligiga qoyil qilishga tirishdi. Uning so'zlariga ba'zilar ishondi, ba'zilar ishonmadi. Ular o'zaro kelisholmay qaytmoqchi bo'lganda, Pavlus ularga mundaq dedi: "Muqaddas ruhning ajdodlaringlarga aytgan so'zlari sizlarga to'g'ri keladi. Muqaddas ruh Yashaya payg'ambarga mundaq degan edi: Berib bu xalqqa mening so'zlarimni aytqin.
Sözlerimni anglaysizlar, tushunmaysizlar. Qilganlarimga qaraysizlar, ma'nisini uqmaysizlar. Chunki bu xalqning zehni zaiflashgan. Ular quloqlarini etib olgan, ko'zlarini yumib olgan. Undaq bo'lmasidi, ko'zlari ko'ratdi, quloqlari anglaydi, zehni uyg'onib, menga qaytatdi. Menmi ularni saqaytatdim. Ondan Pavlus, shunga bilishinglar kerakki, Xudoning qutqizishi Yahudi emaslarga berilmoqda. Ular uni qabul qilmay qolmaydi, dedi. Pavlus o'zi ijaraga olgan uyda 2 yil turdi va bu yerda uning bilan ko'rishishga kelgan hamma kishilarni qabul qilib, Xudoning podshohligi to'g'risidagi xush xabarni yuraklik tarqitib, Rabbimiz Ayso Masihga doir haqiqatlarni yetkizdi. Uningga hech kim to'sqinlik qilmadi.